Kadirli qeyirdaşlar, insanın özünü tunuşturuşu en təsis olsa gerek belki. Şu an doktor okuyup koymayayım biraz bir tercümanını okup ötey. Doktor Nebican Tursun, Washington şehirdeki Erkin Asya Radyosu'nun Uygur bölümünün 2001 yıldan 2025 yılı 10. aygacha Ali baş muharriri bolgan. O tunulgan Uygur tarih şunası, onun tədqiqatları Uygur ve Orta Asya tarihi qarıtılgan. Doktor Üçturpan şehirde Ziyali ailesinde doğulgan. Başlangıç ve Orta mektebini şu yerde Uygur tilida okugan. 1981 yıldan 1985 yılgacha Beyjingdeki Milletler Merkezi Üniversitesi'de okup Uygur tili ve edebiyatı boyunca bakalavrlık ünvanı algan. Bundan başka 1987 yıldan 88 yılgacha Beyjing'de Paris ve Çağatay tillerini öğrenip bilim aşırgan. 1989 yıldan 90 yılgacha Şinjan Üniversitesi'nin Orta Asya Tədqiqat İnstitutu'da magister aspirant bolgan. 1990 yıldan 96 yılgacha Moskva'daki Sovet İttifaqı Fanlar Akademiyası'nın Şərqşünaslık İnstitutu'da aspirant bulup okugan. O institut Rusya Fanlar Akademiyası'na aylangan. O şu yerde yana Uygur tarihi boyunca doktorluk ünvanını algan. Okutqıçılık tecrübesi. Nebican Tursun, atalmış Şinjan Üniversitesi, Kırgızistan Milli Üniversitesi, Moskva Şarq Üniversitesi qatarlıq ali mekteplerde Uygur tili edebiyatı ve tarihinden ders bergen. Amerika ve bir qancha ellerdeki bir qancha ali mekteplerde o'quvchilarga tarix boyunca leksiyalar so'zlagan. İlmi faaliyeti. Nebican Tursun, Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki Orta Asya Kafkaz İnstitutu'nun Şinjan layihisi deb atalgan çoğun kölemlik tədqiqat layihisiga qatnaşqan. 2004 yılı Şərq-G'arb Tədqiqat Merkezi'nin Şinjan Tədqiqat Gruppusiga qatnaşqan. O yana 2004 yılı M.E. Sharpe Nəşriyyatı tarafından nəşr qilingan Şinjan Xitayning Musulmonlar chegara zimin deb atalgan kitobning avtorlaridan biri. Yana 2018 yılı Palgra ve Maçmilla Nəşriyyatı tarafından çıkarılgan Uygur Cemaati, Diaspora, Kimlik ve Coğrafiyevi Siyaset namlı kitabının avtorlarından biri. Eserleri Nebican Tursun 30 yıllık emgekinin məhsulu bolgan zor həcmlik ilmi emgek 13 tomluk Uygur umumi tarihinin avtorudur. O yana 2007 yılı Dunvodi Press Nəşriyyatı tarafından nəşr qilingan Uygur o'qishliğinin avtorudur. Onundan tashqari 1998 yılı Moskvada Rus tilida chiqadigan Xitoy tarixshunosligida Uygur etnogenezisi meselelari, Xitoy tarixshunosligida Uygur siyasi tarihi degan kitobni yozib nashr qildirgan. Ve inisi Doktor Abdurahim Tursun bilan birlikte 2003 yılı Uygur şairlerinin tunji chet tildagi şiirlar toplami Uygur şiiriyeti namlı kitobni Rus tilida nashr qildirgan. Hazırgacha Nebican Tursun'un Uygur ve Orta Asya tarihiga ait 300 parçadan artıq ilmi ve amibab makalesi İngiliz, Rus, Uygur, Türk, Fransız, Xitay ve başka tillerde çıkan. O qabil jurnalist bulup Erkin Asya Radyosu'da Ali baş muharrirlik qilgandan başqa yana neçe ming parça haber analiz programları ve ming parçaga yakın Uygur ve Orta Asya tarihi temasidagi eserlerini tayyorlab e'lon qilgan. Xalqaradagi faaliyetler bolsa o Amerika Qo'shma Shtatlari, Rusya, Türkiye, Fransiya, Shveysariya, Avstraliya, İspanya, Polsha ve başka ellerde ötküzülgen xalqarалық ilmi muhakeme yığınlarında 70 qetimga yakın ilmi dokulat bergen. Müşinchilik kifoyalansam qizg'in bir alqishlarimizni olsak qayta. Assalamu alaikum. Ma'noni so'zlaymi? Ma'nodimi? Ma'noda. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar, aziz jamoat. Bugün men uchun nihoyatda bir xo'shallanarlik, baxtli bir kun desam bo'ladi. Nimishki deganda bugün her biringlar bilan birlikda
özümüzün ana vatanımız Şarkı Türkistan'ın tarihi, halkımız Uygur halkının büyük besip ötken musafirler hakkında birlikte fikir kılımız. Birlikte oylaşımız, birlikte sözleşimiz. Tarihimiz nime üçün şaraplık olgan, nime üçün pacalık olgan. Nime üçün Uygur halkı bugün günde pacalığa kaldı degan suallarını tabii aldı kaldığımızda şu tarih arkalık yeni bir kıtım oylap ötümüz. Tarihi bombagan, ötmüş bombagan milletinin bugünü bombaydı. Tarihi bombagan, ötmüşü bombagan, şallık bir tarihi ötmüşü bombagan milletinin hem keleceği bombaydı. Bugünkü Türkiye'nin büyük bir Türk devleti boğallığı, onun büyük Osmanlı İmperiyistik kudretlik devletinin boğallığı. Tarihteki kök Türklerde kudretli bir devletlerinin boğallığı. Bizden bugünkü Uygur halkının devletinin bombayı kağallığı, elbette tarihte onda devletlerinin bombağallığı emez. Hem boğallığı, şununda keyinki vaxtlardaki özümüzün tarihimizde ötken türlük musafirlerdeki türlük sebep amıllar. Bu sebep amıllar, içki amıllar, taşkı amıllar ve türlük sebep amıllar tüpeylidin biz her türlü kısmetlerge duçar bulduk. Elbette bu kısmetlerge duçar buluş bizim cinayetimiz emez, bizim günahitimiz emez. Bu okşaşta bizim keleceğimizin bağlılığının yeni bir ispatı. Ben nime üçün bu 30 yıllık hayatımını bu tarih sarf kıldım degen bir meselenin aldı bilen her birinlerge bu leksiyamni sözleştim burun azırak asıl ötey dedim. İnimiz Abdullacan Naiti yaxşı bir tasvirledi. Hayatının en güzel vakitleri yaşlık buludu. Yaş adam diyen hem işini kılıdı. Koludan hem iş kılıdı. Şundan mı? Bizim en güzel vakitlerimiz geç gündüz kitaplar arasında, materyaller arasında. Keç gündüz sanaksız keçilen uxlamay ötküzüş bilen ötken hayat. Şunun neticesi de aldığınlardaki mana bu tomlar turuptu. Kündü koşularda oynap jügen bolsak, kavap, lağmel yep, külüp çaqçaqlı jügen bolsak, yaki uya bir jügen bolsak bu kitaplar bulmagan bolatdı. O bir hayatның Allah bergen lezzeti, bu mu bizgi bergen Allah'ın lezzeti. Biz mana muşunundan lezzet alımız. Mana muş ruh bilen bu kitaplar dünyaya geldi. Bunundan keyin devam ekildi. Texmi büyük neticelerini pat arada yani kütüp alıdığanlıqları Allah'tan tileymen hem işirmen. Hem de biz özümüzün tarihimizi kesek, bizden tarihimiz naiti şereflik, naiti uzun musafirlik, naiti galbilik, şunundak naiti zor tragediya bilen tolgan. Tragediyalar, mağlubiyatlar yalnız bizgine mensup emas. O hemme halkının tarihide bolgan. Biz elbette o mağlubiyatlarının boğallığından ümitsizlenmeyimiz. Biz tarihimizde bolgan galbiyatlarımızdan ümitlenimiz. Ecdatlarımız kıygan şu işlerden biz ümitlenip özümüzge güç alalayımız. Demek bizden bavullarımız, çoğun bavullarımız, jırak ecdatlarımız kıygan işler elbette bugünkü ultağalarımızdan kıynadı boğallığı için şu ecdatlar bizde biz kılalayımız. Buna deyin ki evlatlar kılıdı. Nime üçün kitap yazımız 13 tom inşallah belki onundan köpeydi. Nime üçün şu keyinki evlatlarga muşu ötmüşümüzün şallık kısımlarını hem sebep amıllarını köstüp keyinki evlatlarga ruh ulanı işenç beriş ulanı kelecekke bir yaxşı şundaq bir güzel küllerinin nisip oluşuğa işendiriş gelip geliş. Bu tarih bizim vazifemiz şu. Hem de özümün tarihçilik prensipimden ağanda benim 3 prensipim var. Birisi ilmi buluş. İlmi akademik bulmasa o tarih sahtı buludu. İkincisi naiti akidi buluş. Yani aldı bilen özümüzden kıygan işimiz gelmiş. Tarih ilmiga bütün vücudumuz bilen akidi bağlaş. Üçüncüsü cevapkar buluş. Bu Allah'ın aldığı cevapkar buluş. Çünkü tarihini biz yalgan kıssak, tarihimizdeki kahramanlarımızı, şahslarımızı halıgança hakaretlesek, töhmetlesek, özümüz bilmey turup halıgança ulağa onu kıldı da bahalarını versek, bu eğer cinayet olur. Bir yaxşı tarihçi hiç kaçan hakaret kılmaydı. Ötmüşünün savaklarına hakaret bilen muamele kılmaydı. Adamlarga özü bilmey turup töhmet çaplamaydı. Bana bunundan sakınışımız gerek. Ben bana muşu ruh bilen çünkü 20. asır tarihimizni bağlaganda biz nurgun meselelerge yoluqimiz.
Mana şu meselelerini hal qilishda biz nayt soğuqqanlıq bilan qattiq o'ylashib bir javobgarlik, bir mas'uliyat tuyg'usi bilan buni yezib chiqishga tirishdik. Hamda o'zimiz kelsak, tariximiz meselesiga kelsak, oldi bilan biz o'zimiz qachondan boshlangan degan temada bir o'ylashib o'taylik. Hamda Uyg'urlar albatta Sharq Turkistondagi bu boshqa qarindosh xalqlar, Uyg'urlardan boshqa yana albatta boshqa xalqlar yashaydi. Uyg'ur xalqi Sharq Turkistonning burundan tortib asosiy gavdisi, asosiy xalqi bo'lganligi uchun biz Uyg'urlar deb so'zlaymiz albatta. Tariximizdan olganda nayta uzun bir musofalarni boshdan kechirdik. Biz oldi bilan o'zimizning mana hozirgacha bo'lgan tarixiy davrlarimizni necha bosqichga bo'lganimizda eng qadimgi davrlardan boshlashga to'g'ri keladi. Ya'ni eng qadimgi bizningki ibtidoiy Toshqorollar davri, ya'ni shu Sharqiy Turkiston tuproqlarida insonlar hayotlikni boshlagandan keyin bir madaniyat davri kirishning oldidagi bosqichlar Toshqorollardan tortib, keyingi bir davrlarni so'rgan chaqda 2000 yillar, buningdan balkim 5-6 ming yillar ilgirki Tarim vodisida Uyg'urlarning yani bizge ecdat bo'lgan eng dastlabki insonlarning shu Tarim vodisida yashaganligi, ularning dastlabki madaniyatlarini barpo qilgan davrlardan boshlaymiz. Anadan keyin milodining ilgirki buningdan 2300 yillar, 2400 yillar ilgari tarixiy manbalar bo'yicha bu Sharqiy Turkiston tuproqlarida, ya'ni shu Tangri tog'larining janubiy va shimolidagi joylarda bo'libmi Qashqa, Xotan, Oqsuvdan tortib Turkmangacha mashhur tuproqlarda ayrim shahar davlatlarining bo'lganligi xotirlandi. Gerçi bu şehir devletlerinin boğallığı, bu yerda yaşayan kabilelerninki kim ekanligi haqida har xil ko'z qarashlar dünyada bu 200 yıldan buyon tarixshunoslik sohasida talash tortishlar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha hamda bizning ko'z qarashimiz shu Sharqiy Turkiston tuproqlarida 2000 yillar ilgari yashagan ana shu Oqsuv atrofidagi Qum davlatini qurganlar, Qashqa atrofidagi Suluq deb atalgan shu joydagi davlat qurganlar, Xotan degan rayonda davlat qurganlar, shu joyga hukmronlik qilgan xalqlar Turpan, amaliyotda shu avllarning hammasi bizning tarkibimizda etnik shakllanish tarkibimizdan o'rin olgan. Biz shulardan taraqqiy qilib, davomlashib bugungi davrga yetib kelgan. Shuning uchun u tarix bizning ajdodlarimizning tarixi bo'lib hisoblanadi. Sharqiy Turkiston hisoblaganda mana toki 4-asrlargacha bo'lgan araliqda Tarim vodisida Uyg'urlarning, ya'ni dastlabki ajdodlarining shu yerda turli davlatlar qurildi, hokimiyatlari bo'ldi. Gerçi birlik kelgan bir davlat shaklida bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin shu vaqtda dastlabki davlatchilik sistemlari mavjud bo'ldi. O vaqtlarda dunyoning nurg'un yerlarida undaq mukammal bir davlat tuzilmalari, davlat sistemlari texi bo'lmagan edi. Ama Tarim vodisida qadimgi Xotan davlati, Udun davlati, qadimgi bu Qum davlati deymiz va uningdan boshqa yana bu Turpandagi rayondagi Qo'sh deb ataymiz Uyg'urchada O'g'iz degan parazlami bor. Bu xalqlarning davlatlar qatorliqlarning hammasidan qaraganda bu joylarda nayt qadimgi davrdan tortib nayt sistemlik o'zini-o'zi boshqargan davlat hokimiyat qurilmalari davomlashgan. Miladiy 5-asrlarga kelgan chaqda bu joyda Türk, yani Uyg'urlarning dastlabki yana bir qabila, cho'ng guruhi bo'lgan bu Xanxil qabilalarininki davlatlari bo'ldi Tarim vodisida. Uning oldida bo'lsa miladiydan ilgariki 3-asrlardan tortib, ya'ni buningdan 2300 yillar ilgaridan tortib toki 2-asrlargacha naydi buyuk Hun imperiyasi tortib eng cho'ng turklarning, ya'ni Uyg'urlarning ajdodlari bo'lgan shu ularninki imperiya davlat sistemasi tarkibiga kirdi. Sharqiy Turkiston, Tarim vodisi, sharqi va shimoliy qismlari bu joylarda mavjud bo'ldi. Bu nuqtadan olgan chaqda bizningki demak 2000 yillar ilgariki tariximiz, eng buyuk tariximiz shu Ullar davri Hun imperiyasi bilan bog'lanib boshlandi. Shu vaqtlarning o'zidan qaraganda bizningki hamda Hun imperiyasini albatta men Ullarni hozir Uyg'urlar deb kesib aytdim. Bunda kesip etişimdik sebep nurgun tarixçiler har xil qaraydı, ba'zilar Moğollarga qaraydı, bağlaydı, ba'zilar başqa xalqlar deydi. Amma Xitoylarning o'zining qoldirgan milodiy 5-6-asrdagi tarix hujjatlarida, tarixlarda Xitoylar yozib qoldirgan shu vaqtdagi. Ya'ni Xitoylar degan bugungi Xitoy emas, shu qadimgi Xitoylarning. Ular farqli bugungisi qadimgisi. Shularning qoldirgan xotirlaridan qaraganda ular hammasi ularni Uyg'urlarning ajdodlari deb yozgan ular.
Ulla Uyg'urlarning ajdodlari deb hech qanday turkiy boshqa qabilani bugungi xalqni ya qozoq ya o'zbek ya qirg'iz xalqini ularning bevosita ajdodi degan unda manba yo'q. Faqat Uyg'urlarning Uyg'urlarning ajdodlari degan xatirlarni Xitoylar qoldirgan. Shu anini toki 7, 8, 9 asrdagi Xitoy tarix nomlaridami o'xshashlar va Uyg'urlarning ajdodlari ular miladiden ilgirki, yani 3000 yıllar ilgirki vaqtlarda, 300 yıllar ilgirki vaqtlarda Dinlen degandek nom bilan ataldı. Keyingi vaqtlarda ular Chili, Tele degandek ismlar bilan ataldı. Bular shu 9 asrdagi Uyg'ur qag'alligidagi shu Uyg'urlarning ajdodlari degan bu tarixiy yildiz Xitoy manbalarida qoldirilgan. Shuning uchun aytgan chog'da ularning Uyg'urlarning ajdodlari ekanligini iborat bu hukm tarihi nuqtadan chog'da bir polatdek paket bu endi. Biz onu talashmaymiz. Şuna men Uyg'urlarning ajdodlari deb bevosita so'zladim. Uyg'urlar 6-7 asrga kelgan chog'da o'xshashlar tarix vodisidagi 6 asrda asosiy xalq aylandi. Asosiy mushu joydagi hokimiyat qurgan qinqil davlati deymiz. Shu xalq Uyg'urlar bo'ldi. Ondan keyin 7 asrga kelganda 6 asrning oxiri 7 asrlargacha ko'k turklar, ya'ni Ashina urug'ining vakilligidagi turk qag'alligi butun Tarim vodisini o'z ichiga olgan holda Sharqiy Mong'oliya, O'rta Osiyo mana shu zaminlarda ko'k turklar qag'alligi qurildi. Toki 8 asrgacha ko'k turklar qag'alligi har xil shakldagi siyosiy jarayonlarni boshdan kechirib o'zaro urush, o'zaro ichki to'qinish va boshqa turli sabablar tufaylidan oxiri parchalanish bosqichiga kirgandan keyin milodiy 744-yilga kelgan chog'da Uyg'ur qabilasi Türk qabilalarining ichidagi eng kuchli, soni eng ko'p bo'lgan qatnashgan qabila shu vaqtda Türk ichida Uyg'ur qabilasi edi, Oğuz Uyg'ur qabilasi. Bular 744da shu Mong'oliya, hozirgi Mong'oliya, u vaqtda Mong'oliya degan atalg'i yo'q. Shu tuproqlarni asosiy siyosiy markaz qilib Sharqiy Uyg'ur qag'allığı qurildi. Uyg'ur qag'alligi 100 yildan ortiq mavjud bo'ldi. Gerçi uning oldidami Uyg'ur qag'alligi milodiy 605-yilda 647-yildan tortib 680-yillargacha mavjud bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u Türk qag'alligining, Sharq Türk qag'alligining homiligi ostidagi bir xalq edi, kichikroq. Lekin 744dan keyin u butun Türk xalqlarining Türk qabilalarining hammasiga yetakchilik qilgan, butun Türk qabilalarini o'z ittifoqi ostiga kirgizgan, ularni birlashtirgan bir qudratli davlatga aylandi. Demak, shu O'rta Osiyodan tortib, uning g'arbida hatto shu Turkmeniston hozirgacha Orol ko'llari bo'yi, hatto uning g'arbidagi shu Qrim, Rossiya tuproqlarining bir qismi bugungi shu joylargacha yeyilgan, sharqda bu Ingan tog'lari, shimolda bu shimoliy Muz okeaniga tutishadigan, janubda bugungi Mong'oliya, mana shu keng zaminga yeyilgan har turli turk tilida so'zlashadigan turk qabilalarininki yetakchi qabilasi, shularni birlashtirgan bir davlat sistemasiga olgan xalq Uyg'urlar bo'lib shakllandi. Bu davlat toki 744dan toki 840gacha 100 yildan ortiq mavjud bo'ldi. 100 yilga so'zilgan bu xalqda ilgari keyin 10 necha qag'an o'tdi. Bu qag'allar hukmronlik qildi. Shu vaqtdagi Sharqiy Turkistonmi Uyg'ur qag'alligininki tavasiga territoriyasi hisoblangan edi. Endi Uyg'ur qag'alligi bizning Uyg'ur xalqining tariximizdagi eng bir shavkatlik bir bosqich hisoblanadi. Ya'ni ko'k turklardan keyingi Türk xalqlarining tarixining davomining eng yuksak yana bir cho'qqisini Uyg'ur qag'alligi shu vaqtda yaratdi. Uyg'ur qag'alligida tunji qatim Türk xalqlari shahar madaniyatiga kirdi. Yana bir qatim shaharlarni soldi, shahar qurilishlarini barpo qildi. Shu Mong'oliya yaylaq rayonlarida. Albatta uning shaharda yashagan dehqonchilik rayonida yashagan qabilalar bor. Sharqiy Turkiston, bu hozirgi O'rta Osiyo, ya'ni O'zbekiston, bu tuproqlarda, Qirg'iziston bu tuproqlarda yashagan. Lekin Mong'oliya mana shu yaylaq rayonidagi asosliq shahar madaniyatini barpo qilganlar shu vaqtda Uyg'urlar bo'ldi. Bu xalqlar qudratli bo'ldi. Sodi jihatda butun Yevroasiyoning shu
Ғарып білән Шарқның соды түгінні контрол қылды бұла. Яғни жырақты бұл Қытай таң империясы білән болған Орта Асия вә оның ғарбидік районларының соды алақыларда мұны мұшы районны контрол қылып, yolны контрол қиғычыла ұйғырла болды. Шу вақтық таң императорлығыны ішкі жәтігі қозғылаңлады мәғлұп болыш алды да, таң императорлығы білән бұл ұйғыр қағалығы отырысы тоқтам түзіліп, келішім бойынша қошуларыны еветіп, isyan qıyğan güçlərini tarmar qılış bədiliga taң imperiyasını saqlab qılıb, amma özüge qaram dövlətə aylandırıb qoydu. Yəni hər yili taң Uyğur qağallıqıga milyonlab rəxləni berdiğan ipək vaxtı ular ipək toxuydu o. Ondan keyin və başqa dehqançılıq məhsullatlarını və başqa işləp çıxarış məhsullatlarını Uyğur qağallıqıga təminləydiğan aşındaq alğıçıb qaldı. Köpünçe tarixçılar, Ғәрб tarixçiləri, hatta Rus tarixçiləri məsələn Bernstein, o bu digərlər, məsələn Fransızlı Hamilton degan tarixşünaslar Hamilton. Bu taң imperiyasını əməliyyatda Uyğur qağalığının ki astıdakı bir ami dövlət. Amiliq astıdakı bir dövlət deyə qarаған. Əlbəttə bugünkü Xitay tarixçiləri onda deməkdir, onun əksinçi deydi ular. Uyğurlar bizə təvə bolğan deyib. Uyghur qağallığı manım şundaq 100 yılğa yaxın mövcud болып duruş jarayonida axırqı vaqtlarda Uyghur qağallığının içidəmi içki qismida ittifaqsızlıq kelib çıxdı. Yəni qabilələrinin içində hakimiyyət talış kelib çıxdı. Bunun yəni Soğdilarning oynagan rolu var. Soğdilar bu O'rta Osiyodagi Fars tillik sodigar bir xalq bo'lgan. Ular hakimiyyət qatlamığı sınıb kirib, sodi iqtisodiy kuchiga tayinib turib. Aslasda xalqningki hakimiyyətiga ta'sir ko'rsatilgan kuchga aylangan. Şu türlük sebepler tüpeyilden bulup mu taң ordusunun içki oynayan rolları sebebinden ahırı Uyghur qağallığı 780 yılı ve 795 yıllar kelgende bir katım içki cihati parçalanıp Yağlaqar kabilesi yani hallıqını başqurduğan hakimiyet sürdüğün kabilenin hukuki yeni bir Adiz deydiğin kabilenin qoluğu ötüşü bilen hallıq aslasda parçalanışqa içki ixtilaf, içki nizala yolu qırapmadı. Әмден шуны әскертіп қояй, 762 жылы келген чағда бұл ұйғырлар, түрік халықлары уақытыда исламиятке кірмеген, исламға құбыл қылмаған уақыты. Исламияттың ұчағда ислам дин итқады Отыр Асияға толық етіп келмеген, Отыр Асия халықлары исламға толық кірмеген уақытла. Уақытларда бұл ұйғырлар, түрік халықларының әмістігідек Тәңірі итқады, yani asmanғы çoğunduğun türlük itiqatları çoğunattı. Şu şarayitdə Uyğur qağallıq tuncu qatım 762 yılda Orta Asiyada peyda bolğan mani din deydiğen bir dinğa, bir itiqatını qəbul qılıb, onun üçün bu itiqat Uyğur qağallığının içki qismini mükemmelləşdiriş emas, parçılıq etiş rolunu oynadı. Onun da məsələn süt içisi bolmaydı, göç yesi bolmaydı degəndə türlük təlimatları bu Uyğurların bədən qurulmasına uyğun kelmədi də. Xanlar bunun etiqat qıyğan bilən xalq qəbul qılmay axır bu toqunuşlarda bular asta-asta içki cihati parçalandı. Ama dikin taşqi amillarının təsiri, içki amillarının təsiri bilən 840 yılı kelgan çağda şu vaxtdaki Uyğur qağallığı təvə bolğan Selenga vadilləri yaşaydığan Qırğızlar, Qırğız qabilesi Uyğur qağallığının paytaxtı Qarabağ hücum qılıb, içki cihətdeki hakimiyyət talaşqan güçlər bilən maslaş arqılıb Uyğur qağallığının xanını Qarabağ taşlab keçişqə məcbur qıldı 840 yılda. Qaçqandan keyin Uyğur qağallığı parçalandı. Endi əlbəttə nurgun tarixçilar deydi o, Xitay tarixçiləri hatta Uyğur qağallığı 840 yılda bu qudretlik imperiya. Yani əskertib qoyay, Uyğur qağallığı faqat bir xallıq qağallıq emas. O imperiya dərəcəsinə yetken. Onun dairəsi Orta Asiyagacha. Müşü hazır Qırğızstan, Qazaxstan, Özbekistanның bir qismi geçe. Janubda Qashqariya, müşü zimilləgicha. Ama ötken şarqda bu İngan tağları, hazırkı Mongoliya, Rusiyanın hazırkı Şimaldaki Xakas Cumhuriyeti degендек, mana müşü Janubi Sibiriyagicha bolğan keng rayon. Şimalda nime ma'volqi Seriq daryo, Xonxe daryosi deydi Xitoyda. Şunun şimaldagi bolğan bütün joylar şunun ta'siriga asla kirgan. İkincisi, şu vaqtdagi Osiyodagi cho'ng davlat deb qaralgan Taң imperiyasini Uyğur qağallığının oldida onunğa təvə dövlət altın kelib. Şu vaqtda Orta Asya, Merkezi Asya, Евразия rayonundaki en kudretli güçlerinin biri Uyghur devleti, Uyghur qağallığı olgan. Şu onun hakimiyet kurulması, egeldigen zimini, onun güç kudretini ağanda
imperiya болғанлығы үшін көпінші тарихчылар, мәселен Австралиялық тарихчы Макерас дегенлер, bu Uyghur devletini Uyghur imperiyasi degan atalgı bilan ataydı tarixda. 840 yılda bu qağallıq yıqıldı. Yıqılğandım to'liq emas. Buni kimlar tarixchilar bu Uyghur qağallığı shuning bilan tugid deydi. Amaliyotda Uyghur qağallığı deki hakimiyet sürgücü qabileler taraf-tarafga parçalanışqa. Yaylaq rayonundaki qabileler türlük amillar yani urush, ikincisi taqalgan yuqumliq kasal, qish mezgili bo'lg'achqa o't cho'plarninki qarasliq ko'milib qilishi, chorvalarni ta'minlash imkoniyati bo'lmasligi, qatorliq turlik amillar tufaylidan Mongoliya mushu joyni asos qilgan, yaylaqni asos qilgan bu qabilelar janub, sharq, g'arb, shimol taraflarga tarqaldi. Onun bir qismi 15 qabila bu g'arb tarafga surilib, Sharqiy Turkistondagi o'zining qarindoshlari bilan boshqa Uyg'ur Turkiy qabilalari bilan birlashdi. Janubga surilgan Yog'liqor qabilasi boshliq 13 qabila bu janubga surilib, shu vaqtdagi Tang ordusidan yordam elib, Tang ordusi to'lashga tegishli nurg'un qarz bor ularga. Shu qarz, Yipak qarzi va boshqa qarzlar bor. Shu qarzlarni qaytarib olamiz, shuning badaliga ochliq olamiz. Bizmi bularga askeriy yordam bergan, bizga askeriy yordam berdi degan umid bilan hech janubga borganda, shuning bilan u Tang ordusi aksincha ularga yordam bermasdan, aksincha ularni 1 yildak vaqt hech qanday yordamsiz cho'l jaziralarda bu odamlarning qilishiga sabab bo'lib, eng oxirida bu vayron bo'lgan qabilalarni askar evatib, hujum bilan bularni butunlay qirib tugitib, ba'zilarini taslim qilib, o'z ichiga qo'shilib, eng oxirida buningdagi bir 9 odam eng oxirgi qolgan bu bir hikoyaga o'xshaydi. Shimolda bir xalqlarning orasiga qochib berib, u yerdan qo'g'lab kelgandan keyin shuni g'oyib bo'lib ketdi tarixdan. U odamlar nima ketdi, nima bo'ldi, bu noma'lum. Bu milodiy 847-yil. Buningdan taxminan 1300 yillar ilgari 1200 yıllardan artıq vaqt bo'lgan, ilgir bo'lgan ishlar. Uyg'ur qag'allığı shuning bilan uzil kesil 847-yilda tugash bilan tang ondan Turpan vodisida uning davomi shaklda Turpanda Uyg'ur Idiqut davlati Turpanda qurildi. Ammo uning davomi shaklda Qashqa bu rayondagi Uyg'ur yag'ma qabilalari va boshqa turli Turkiy qabilalar, qaruluqlar bular birlashib, asli Qashqada mavjud bo'lgan taxminan 1000 yillardan ortiq davomlashgan Qashqada davlat var, Qashqa davlati var şu vaqtimizda. Shular bilan birlashib qaytadan Qarxonlar davlatini qurib chiqdi. Bu shaxsan mening ko'z qarashim. Qarxonlar sulolasi qandaqdir bu Uyg'urlar ko'chib borgandan keyin 9-asrda yangidan paydo bo'lgan emas. Bu Qashqa mana mushu rayonni asos qilib, milodidan ilgariki 200 yillardan tortib tarixda xotirlanib davomlashgan shu davlatning davomi. Bular o vaqtlarda islom e'tiqodida emas, buddizm e'tiqodida, Budda e'tiqodida. Tunji qatimi Sultan Sotuq Bug'raxon, Sultan Sotuq 910-asrning boshlariga kelganda o'ttirlarda Samani Abu Nasr Samani deydi, u chaqda O'rta Osiyoda Samanilar xalqi deydigan Fars tilida so'zlashgan xalqlarning davlati bor. Shu Abu Nasr Samani orqali islom dinini qabul qilib, shuning bilan islomni kengaytib, Qashqada asosda shuning bilan islom 10-asrning o'ttirlarda Qashqada paydo bo'lishi bilan asosda milodiy 1008-yilga kelgan chaqda Xotanmi shu vaqtda buddizm davlati. Xotannim islomni kirgizib, umuman mushu butun Tarim vodisi islomlashdi 10-asrga kelganda. Shundan keyin Qarxonlar sulolasininki tarixi taki 13-asrgacha davomlashdi. Turpan idiqutligimi 13-asrgacha davomlashdi. Undan keyin Chingizxon Mo'ng'ul istilasi, Chingizxonning bu bosh ko'tarishi bilan Mo'ng'ul istilasi yuz berdi. Chingiz davlatining kuchayishi, taraqqiy qilishi bilan Uyg'urlar dastlab qadamda Turpan idiq davlati Chingizxonga al bo'lish bilan bu joyda urush bo'lmadi. Qashqa bu rayonlar urushsiz holda asosiy jihatdan Chingiz imperiyasininki tavasiga kirdi. Undan keyin Chingizxon O'rta Osiyoni avlodlari egallab bo'lgandan keyin uning avlodi bo'lgan Chag'atay shularninki hukmronligiga rayoniga o'tib, uning avlodlari şu Qashqariya, O'rta Osiyo, hozirgi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston mush tuproqlarda ularning hukmronligi yurgizildi. Lekin u vaqtlarda u Chingizxon deyilganda Mo'ng'ul qabilalari deganda ularning hammasi qandaqdir bugungilik biz ko'rgan
Ал ташқы Монғолиядегі Монғолlar емес ular. Ular ayrım. Ular tegi-tekini alganda Türk kabileleri bular. Mutlaq көп qism qoşunları Türk tilida so'zlashgan Türk kabileleri. Lekin davlatning nomiga Mo'ngolni qo'llanganligi uchun hammasi Mo'ngol degan ramkasida kirib ketgan. Lekin u hammasi Türk kabileleri. Shu bular andın O'rta Osiyoda qadam-qadam islomga kirib, islomlashib, eng oxirida bu rayon ikkinchi bosqichda bu qabilalar to'liq Uyg'urlashish, Turklashish Sharqiy Turkistondagi bu bosqichlarni boshdan kechirdi. Demak, bu zaminda Sharqiy Turkistonda toki 13-asrdan 15-asrlargacha bo'lgan oraliqda ana shu Chag'taylarning avlodlari Tug'luq Temirxon, hukmronligidagi xonadonlik Sharq Chag'tay xonligi va undan keyin bo'lsa bu joyda Do'g'lat qabilasi deymiz, Aqsu'ni markaz qilgan Do'g'lat qabilasining Mirzo Abubakrning boshlamchiligida bir mezgil Qashqar sultonligi, Qashqar davlati bu joylarga hukmronlik qildi. Undan keyin bo'lsa bu joyda Saidiyalar, ya'ni O'rta Osiyodan bu Sultan Said bo'lmi, Yildiz jihatdan Chag'tay, shu burun ajdod 300 yil ilgirki. Shuni tutishdi. Undan keyin Qashqarda hokimiyatni egallab, Yarkentni poytaxt qilib toki 1514-yildan toki mening shaxsiy ko'z qarashimcha 1759-yilgacha Manju Xitoylar, Manju imperiyasi besib olgacha bu joyda bu davlat mustaqil Saidiyalar davlati mavjud bo'ldi. Saidiyalar davlatining 300 yilga yaqin mustaqillik tarixida, albatta davlat tarixida uning qudratlik davr, ojizlish davri, uningda hokimiyat talish kurashlarida Xo'jalar guruhining hokimiyatni egallab olishi va nurg'un davrlarga bo'limiz. Men buni kitoblarimda tafsili yoritdim, uning bosqichlarini. Saidiyalar davlati qandaqdir bayatdan azroq so'zlashdik bu vaqtda. 1678-yil Jo'ng'ar qalmoqlarining Abbaq Xo'janing Tibetlarga cho'qinishi bilan bostirib kelishi bilan tugagan emas. Jo'ng'arlar Qashqariyaga besib kelib, Yarkanni egallab olgandan keyin chiqib ketib, uning o'rniga İsmail Xonni olib ketib, uning o'rniga yana shu Chag'tay, ajdodiy Chag'tayga tutishadigan, ya'ni Abdurashid Xon deydigan kishini xalliq qo'yib, u davlatni faqat Jo'ng'arlarga yilda bir ashlayak bu bizning oltin topshirdigan qilib qo'yib, xalliqni saqlab qolgan. Chaqilmagan, butunlay o'rib etmagan. Keyin yana oraliqda bir mezgildan keyin Muhammad Eminxon davriga kelganda mustaqillikcha qolgan Saidiyalar davlati toki 1707-yillarga kelganda Yarkan xalqi. Anakin Xo'jalar, Abbaq Xo'janing keyingi avlodlari Maxtumzodlar jamoat tarafidan hokimiyat tartib elinib, bu yerda Xo'jalar bo'ldi. Xo'jalar bu rayonda ya'ni Aqtaqiyliklar, Qartaqiyliklar degan necha guruh bo'lib bo'linib, o'zaro bir-biri bilan kurashdi. Bularning kurashining hammasi tegidlikni olganda Saidiyalar davlatining xalq hokimiyatini qo'lga keltirish. Chunki kim Yakanni egallasa, u vaqtda Qashqar poytaxt emas, Yarkan poytaxt. Yakan emas, Yarkan. O ismi bizniki. Qashqar emas, Qashqar. Buning asli. Keyin bizning eg'izimizdikini shaharning ismi qo'yib qo'yganda biz eg'izimiz chiqqan gapni. Shu xalqninki tatib olgandan keyin ular, lekin ularni o'zining yana hukmronligini yurgizdi. Ya'ni shu Yarkanga markaz qilib xalqni davomlashtirdi bular. Davomlashtirdi. Eng oxirida 1759-yilda Manju imperiyasi bosh ko'tarib qudratlanib, shimolda bu Jo'ng'arlarni yo'qotib bo'lgandan keyin Qashqariya tarafga Tangri tog'larining janubiga hujum qildi. U vaqtida anakin Qashqariya xalqi, Sharq Turkiston xalqi Oki Fuqa Burxoniddin Xo'ja Jahon boshlamchiligida Jo'ng'arlarga qarshi, Manjularga qarshi bir yilga yaqin qattiq qarshilik ko'rsatib jang qilib, oxiri nurg'un janglardan keyin 1759-yilda Manju imperiyasi zo'r askariy kuch bilan Qashqariyani bo'ysundirdi. Afsuski bu urushlar nihoyatda dahshatli o'tdi. Ya'ni Manjur imperiyasining, ya'ni Xitoylar emas, Manjur imperiyasi, Xitoy bilan Manju ikkisi. Xitoyni Manjular besib olgan ularning o'zida. Xitoy o'chog'ida Xitoyning bir davlatni, bir xalqni besib oladigan kuchi yo'q uniki. Ularni haq besib oladigan ularning o'zida. O Xitoylarni faqat askar qilib ishiltdi, besib olgan xalq, Manjular. Bular besib olgandan keyin bu joyda o'zlarininki
hükümranlığını ornattı. Cenupta, Qashqa, Yakan, Xotan, Turpan rayonlarda 1765 yılı kelgen çağda tunji qatam Sharqiy Turkiston xalqining yana bir qatam Manjur imperiyasi qarshi qo'zg'olonga tortildi. O qo'zg'olon mashhur qo'zg'olon, birinchi cho'ng qo'zg'olon Uchturpan qo'zg'oloni deb ataldi. Mening jutumda yuz bergan. Shunga men bek faxrlanman buningdan, tariximdan. Shunga. Onu tarixte ciddi yığılığı deydi. Nurgul hanım kızlarımız, yetti kızlarım da faxrlanıslar. Şunda mı? Yetti kız ana şu Uchturpanda tunji qatam Xitoy askarlari Manju Xitoylarning qo'liga tushishni xohlamay, o'zining iffat nomusini saqlash uchun tog'dan o'zini tashlab o'lib oldi deyildi rivoyatda. Bunda qahramonlik kam uchraydi insonlar. Demak ki 1765'te Uchturpan xalqi tunji qatam shu vaqtida Manjur Xitoyga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Endi men shuni ozroq deb o'tib ketay. Bu asos tem bo'lmasimi, qisqartib o'tib ketay. Tunji qatam Manjur imperiyasi 1759 yılı Manchu imperiyasi bu joyni ishg'ol qilgandan keyin hokim beglik tuzum o'rnatdi. Saidiyalar xonadonligidan tortib bizda davomlashgan hokim beglik sistemimiz bor. Viloyatlarga, noilaga beglarni qo'ydi. O'zimizning konu. Bu Türk an'anamiz bo'yicha beg yurtning cho'ngi, boshquradigan odamlar, hokim beglar. Shu bo'yicha bu Manjular Qianlong imperatori bu joyni besib turish uchun bu joyni boshqarish uchun askeriy kuch ishlatilishi kerakmi yoki yerlik odamlardan foydalanish kerakmi degan masalaga duch kelgan. Askeri kuch bilan uzun mezgil boshqarish tez. Chunki o'zining askari oz. Shundami? U 1 yil boshqarsan, 2 yil boshqarsan kuching yetmaydi. Eng yaxshi boshqarish usuli yerlik xalqning o'zidan, musulmonlardan cho'ng huquqdorlarni tayyorlab, hokim beglarni shakllantirib, bu beglarga orqali o'zining xalqini mushularga boshqartib, o'zi tepisidan boshqarish usulini qo'llangan. Bu hokim beglik deb tuyuldi. Shu vaqtning o'zida Manju imperatori har bir jutqa Qashqa, Xotan, Oqsu mushlarga eng yuqorisi hokim beglarni qo'ygan. Uning ostida yana ishxona beg, o beg, bu beg deydi. 30 necha turli kichik beglar bor. Bu beglar bilan orqali mana mushu joylarni o'zlari boshqargan. Har bir jutda bir necha yuz dandan Manju askarlari tug'an, Manju Xitoy askarlari. Ular hech nimaga aralashmaydi. Dastlabki vaqtlarda chiqilmaydi, faqat turdi. Har bir joyda biradan Xitoy Qashqada, Oqsuda, uya biyada bir Manju amaldor. Manjudan bo'ladi amaldor vaqtida. Manju amaldori o'tirdi. Ama hokim beglar asosiy boshqaruvchilar. Endi bu kimning ustilik qilgan yeri Qianlong Manju imperatorining. Bu joyni Qashqaning o'ziga Qashqalikdan hokim beg qo'ysam, Qashqalikdan beglarning hammasini ulardan qo'yib olsam, bular o'xshashli o'zining xalqining yetakchisi bo'lib, o'zining jutini agashtirib, man qarshilik qilishi mumkin. Uning o'rniga Qashqalikqa Oqsulikni, Oqsulikqa Xotanlikni yana birisiga uni qo'yay deydi-da bular. Buning taktikasi. Shuning bilan ular butun Qashqariyani boshqargan chaqda asosligi Turpan Qumuldi. Birinchi bo'lib Qumul Turpanliklar shu vaqtdagi Vanglari, Vang deganlar. Aslida ular xonlik, asli xon bular bor. Keyingi vaqtlarda Manju imperiyasi askariy kuchidan oldida urush bo'lgandan keyin ularga bayat qilgandan keyin Manju imperatori shu vaqtning o'zida Qumul va Turpanning hükümranlarına, ali rehberleriga, yani han, padişah, ona Xitoycha Wang deydi. Degan nomni berib, sizlar misha joyni boshqaraveringlar degan. Shu bo'yicha ularning o'zini boshqarish huquqini e'tirof qilgan. Qashqa ma joylarga bo'lsa, hokim beglarni qo'yish usulini qo'llangan beglarni. Shunda asosli Qumul Turpanlardan hokim beglarni tayinlab, Qashqa, Xotan, Oqsu qatorliq joylarga yaratgan. Masalan, Qashqa keyingi vaqtlarda mashhur Zordunbeg deydigan beg var tariximiz sunamı? Şair Abdurrahim Nizarilarni qo'llagan ashunda qada. Bu Turpandan bag'adi. Uchturpanga Abdullah ismli Qumuldan bir kishini beg qilib qo'ygan. Shunga o'xshash bular hokim beglar bular boshqardi. Shu jarayonda bu o vaqtlarda bizning endi Uyg'urlarning endi hozirmi bor qisman o vaqtlarda o'rtaq milliy ideologiya, milliy kimlik
biz Türk, şunda mı? Ya olmasa biz Uygur deydiğen milli ruh qaraganda birisi biz musulman deydiğen dini kimlik boyunca musulman ideysi güçlü. Onun İkincisi, onun keyin qalsa, men palani yerlik degan ideyasi güçlü. Bu bizdeki yani bir şu vaqtdagi imperatorlar paydalangan yani bir çare bizniki. Şuna bilan bu joylardagi odamlar qilish jarayonida asta yerlik odamlar bilan ular orasida qisman ziddiyatlar chiqishga boshlaydi. Manju amaldorlari ustib turdi ular boshqardi. 1765 yılı kelgan chaqda Uchturpanda xalqi tunji qatim şu sistemaga qarshi, yani Abdullah degan Ajutninki begi, hakim begi bilan Manju amaldori Suching degan ikkisi birlashib bilib, Uchturpan xalqidan majbur holda Beijingga jigidi yetkash buyrug'i tushirdi. Jigidi yig'ilg'i degan shu qish mezgilda. Xalq bunun qarshi chiqadi. Qo'zg'olonning portlashidagi birinchi omil shu bo'lgan. Shu vaqtning o'zi boshqa omillar bor. 1765 yil 2-oyning 14-kuni. Şunlar Uchturpan xalqi tunji qatim qo'zg'olib, Manju askarlarini yo'qotib, shaharni egallab, Uchturpan shaharini. Bütün Manjulni qo'shinlarni qo'g'lab chiqargandan keyin Manjuxta qo'shinlari. Oxiridan Aqsudan, Qashqardan qo'shin yetkazib kelib, bularni bostirmoqchi bo'ldi, lekin Uchturpan xalqi qarshilik ko'rsatib, hammasini tarmar qilib o'tdi. Ammo boshqa joylarda hamma yurtda tang qo'zg'olishga odam evatgan bo'lsa-mu, lekin boshqa yurtlar qo'zg'olib bo'lguncha Manjular, ya'ni 50 dan 10 ming kishilik askarga o'tkazib kelib, Uchturpan shahrini qo'rshovga ilib, 6 oylik qo'rshov urushi bo'ldi. Sizlar ko'z oldinglarda kinolarda ko'rgandek bir urush manzarasini ko'ringlar. Bir sepillarni qo'rshib olgan. Sepildik odamlar ustiga chiqib, bütün narsalarni etib, yog'larni quyib, pastlik odamlarni to'piga chiqarg'izmaydi. Shundanmi o'qiyalarni etib. Uchturpan xalqi 6 oy oyinda qarshilik ko'rsatgan. Birmi Manju askari sepilga chiqarmagan kiramagan. Eng oxirida ichidan ondan xoyillar chiqib, bo'linish va boshqa sabablar tufaylidan oxir Uchturpan 1765-yilda 8-oyda ondan Manjularning ishg'ol etib uchirdi. Ishg'ol etib uchirgandan keyin Chalning imperator tunji qatim shu vaqtida bu xalqning Uchturpan xalqining 13 yoshdan yuqorining hammani qirib tashlanglar degan buyruq bergan. 13 yoshdan yuqori hamma odam qirilsin degan. Ayollari, qizlari uylarda ishlaydiganga, qulluqqa berilsin degan buyruq. Shu bo'yicha bütün xalqni qirib tashlab, eshib qolgani yarador, odamni qarshilik ko'rsatmaydigan iqtidordagi odamlar qolgan, andan cho'ng yoshdagi bovaylar, momaylar, anadan ayollar, kichik bolalar bularni qo'shib, bir 10 mingga yaqin odamni ilg'i surgun qilgan. Ildiki Uyg'urlarning surgun qilinib, mushu G'ulja atrofidagi Jilili yuzi degandek mushu joylarga o'rinlashgan dastlabki aholilarning bir tarkibini ana Uchturpandan shu majbur urib, ko'chirilib borgan odamlar tashkil qilgan. Bu odamlar u yerga borgandan keyin asta-asta ko'payib, yo'lda nurg'unlar o'lib tugaydi. Bu men degan magaplarni men hech qanday Uyg'urning tarixiy hujjatlaridan topmadim. Buni Xitoyning o'zining yozib qoldirgan tarix hujjatidan tepib da'vatini magap. O'zi shunday yozib qoldirgan. Manju imperatorligining tarixida Chingshilu deydigan bir kitob bor, shuningda bo'lgan voqealarni shunday yozib qoldirgan. Shuningdek shakllanib Uchturpan xalqi qiriladi. Eng oxirida ondan 1820-yilga kelgan chaqda ikkinchi qatim ondan Uyg'ur xalqining umumimizdagi holda Jangir Xo'janing boshlamchiligida ikkinchi qatim yana Qashqari xalqining yana bir qatim qo'zg'oloni boshlandi. Manjularni yo'qotdi, Sharq Turkistondan tozildi, orqadan yana zo'r qo'shin bilan 18 o'lkadan qo'shin yetkazib kelib bostodi, davomli ular qarshilik ko'rsatdi. 1830-yil yana qarshilik ko'rsatdi, 1847-yil, 1857-yil to'xtamay urush. Ular bastırıp keladi, ularni qo'g'laydi, qo'zg'olib, shunda davomlashib, eng oxirida 1864-yilga kelgan chaqda shuning bilan ikkinchi qatim ondan umumiy qo'zg'olon ilidan tortib Urumchigacha butun Xotan, Qashqa, Oqsuv, Yarkal hamma yerda qo'zg'olib, xalq Manjular hukmronligini to'liq ag'dirib tashlaydi. Ilida ili Taranchi Uyg'urlarning sultonligi, mustaqil xonligi, Kuchada Rashidon Xo'ja boshlamchisi Kucha xonligi, anadan keyin Xotanning o'zining mustaqil xonlik bo'lib,
Ahırda anda Ürümçide Tungalla ula ayrım hallık ulavagan. Şunun ula andın muş vaqtta Yakup Beg Fargan'dan kelip Qo'qon xalligining. Şunun ula buluq yardımlaşıp ahırandan Yakup Beg devri başladı. Andın bütün akibiyetlerini birlik keltirip Quchaq xalligini, andın ilini birlik keltiremedi, ilini Ruslar besib oldu. Qashqa, Xotan bularning hammasini birlik keltirib, oxiri 1867 yildan 1877 yil, 78 yilgacha Uyg'ur Qashqariya davlati, Yettishar davlati deb ataldi. Bu davlat mavjud bo'ldi. Bu joyda bu xonadonlik, bu hukmronlik shu vaqtdagi Osiyo rayonidagi cho'ng imperiyalar o'yini deyildi. Bu yoqda Afg'oniston, Hindiston bor. Hindiston, Angliya, Buyuk Britaniya imperiyasininki mustamlikasi. Afg'oniston o'ttirdi bo'lsa-mu, lekin bu imperiya va Rus imperiyasi orasidagi talash-tortish rayon. Rus imperiyasi, Charusiya imperiyasi bo'yicha davomli sharq kengayib, ulardan shu Issiqko'l bo'ylarigacha hujum qilib kelib, egallab bo'lgan. Olmutlarni 1850-yilda Olmut atrofini egallagan. 1860-yilda Qirg'izistonning Issiqko'l bo'ylarini egallagan. Bu joyda Qo'qon xonligi bor, mustaqil davlat. Ana degan Xivada Xiva xonligi bor. U yerda Buxoro amirligi 3 xonadonlik bor. 3 xonadonlik bor. Unimi asta-asta qadam-qadam bostirdi. Mana shu vaqtda Markaziy Osiyo, mushu butun Turkistonda, g'arbiy va sharqiy, mushu Turkistonda eng qudratli davlat amaliyotda Yettishar davlati. Yani Qashqar davlati mi deyildi? Rus tarixlarida Yettishar davlati deb yozilgan bu davlatning ismi. Mushu eng qudratli davlat shaklida mavjud bo'lgan. Buxoro xonligi deymiz, amirligi 1867-yili Rus imperiyasining homiyligiga o'chib qoldi. Qo'qon xonligi mustaqil mavjud bo'lsa, lekin ojiz holatda, Xiva xonligi ojiz holatda egallagan zaminlarmi kichik, ammo Yettishar davlati, Qashqar davlati bu bütün Yettishar, Janub Tangri tog'larining shimolda Qumulg'ichi bo'lgan, bütün Urumchini markaz qilgan, Manasqchi bo'lgan joy ili sultonligi bor Uyg'urning. Ikkisida birlashmagan vaqti. Ular birlashishni o'ylagan, angacha birlashib bo'lguncha Rus imperiyasi 1871-yil iliq hujum qilib, ilini besib olib, o'tlarini parchalab o'tgandi. Shundan keyin bu 13 yillik vaqt Yettishar davlati shu vaqtdagi buyuk cho'ng o'yin degan o'yin ichida oyoqdan Rus Charusiya imperiyasi bilan, oyoqda Osmonli imperiyasi, oyoqda bu Buyuk Britaniya imperiyasi, hatto Manju Qing imperiyasi bilanmi Yakup Beg bir mezgillik diplomatik o'yin shu vaqtdagi xalqaro dunyo vaziyatlaridan, to'qinishlardan, imperiyalar orasidagi to'qinishlardan foydalanish uchun urindi. Birdan Osmonli imperiyasiga elchilarni yuvatib, o'zini Abdulhamid xon shu vaqtda Abdulaziz o'zini tava deb e'lon qildi. Moyoqdan Angliyaga, Londonga odam yuvatib, o'zini buyuk imperiya Angliya imperiyasi bilan, Britaniya imperiyasi bilan ittifoq tuzdi. Oyoqdan Peterburg odam yuvatib, Charusiya imperiyasi bilan birlashdi. Uning maqsadi Yakup Begning bütün mushu dunyoning qudratli imperiyalarining e'tirof qilishini qo'lga keltirish. Shu vaqtda ham e'tirof qilish deydigan hukm bor. Dunyoning davlatlari, imperiyalar bir davlatni e'tirof qilsa, u kuch bo'ladi. E'tirof qilmasa, kuch bo'lmaydi. Shu vaqtda Yakup Beg hamda shu vaqtning o'zida mushu O'rta Osiyo rayonida buyuk cho'ng kuchlar orasida bir maydon siyosiy o'yin o'ynayolgan, diplomatik o'yinlarni o'ynayolgan bir siyosiy arbob bo'lib yetishib chiqdi. U bir yoqdan Rus imperiyasidan, u chaqda Rus imperiyasi butun Turkistonni egallab bo'lganda u uningdan o'zining bu davlatini e'tirof qilishni talab qilgan bo'lsa, lekin Rus imperiyasi, Charusiya imperiyasi qat'iy e'tirof qilishni unumidi, xohlamadi. Ba'zi tarixchilar Yakup Begning bu Yettishar davlatini Rossiya, Angliya qatorliq davlatlar e'tirof qilgan deb so'zlaydi. Amaliyotda Rossiya e'tirof qilmagan. Shuni men nurg'un materiallarni ko'rdim, arxivlarni ko'rdim, hujjatlarni tekshirdim. Rus imperiyasi qat'iy e'tirof qilgan nima. E'tirof qilmay elchilarni chiroyli yo'lga selib, voy podshoh u bu deb maqtab qo'yib, faqat Qashqariya bu Yettishar davlatini Toshkentni markaz qilgan Rus imperiyasining Turkiston o'lkasi, Turkiston guberniyasi deydi. Shu Kaufman degan odam shuning bilan aloqa qilib, yerlik mandaqiligi, kelishim tuzadigan holatga tushirib qo'ygan. Ruslar bilan Yettishar davlati o'rtasida iqtisodiy kelishim tuzilgan, ikki taraf orasida to'xtam tuzilgan degan gaplar bor-ku. O hech qanday cho'ng diplomatik emas, faqat savdo kelishim bo'lib, Turkiston gubernatorligi bilan Kaufman bilan bu
Yakupbek arası tüzülgen yer. Ama Britaniya imperiyesi itiraf kılgan. Ayol padişah Britaniya imperiyesi namıdın Yakupbek'e xat yazılgan. Resmi mektup yazılgan dövültiniz dep mundaq. Onun bilan tüzülgen kelişim anındın derecesi yukarı. Şu 1876 yılı Manju hükümranlığı Şarkı Türkistan'da besivilişini qaytadan karar çıkarıp Zozongtan uçakda mana Xitayla resmi askeri qo'shin bo'lib Sharqiy Turkistonga Manju imperiyasining qullari hisoblangan Xitoy askarlarining xunallik, xubeylik yo askarlardan tashkillangan besib kelgan kuch shu Zozongtanning qo'shinlari hisoblandi. Kelgan vaqti. Shu vaqtning o'zida bu Angliya Rossiya imperiyasidan Qashqariya davlatini biz birlikda e'tirof qilaylik degan taklifni o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Rossiya imperiyasi rad qilgan. Aqıdan andın Xitay qo'shinlari taki mush Urumchini egallab, Davanchining janubiga yurish qilish oldida yana bir qatim Rus imperiyasidan Angliya yana bir qatim talab qilgan. Biz anda bo'lsa e'tirof qilmasang, biz bu Qashqariya 7 shahar davlatini o'ttirdiki davlat. Sening emas, mening emas, Manju Qingning emas, mundaq betaraf davlatga aylantiraylik degan taklifni qilsa Ruslar uningga qo'shilmagan. Yo'q degan. Shuningga bilan Angliya andan hech amalsiz qolgan. Shuning bu vaqtning o'zida anadan keyin Manju qo'shinlari, Xitoy qo'shinlari andan xotirjam holda Qashqariyaga besib keldi. Yakupbekning cho'ng bir xatoligi shu vaqtdagi. Xatolig desakmi bo'ladi, balkim u odam shu davrning sharoiti qaragandi, balkim, ammo mening tushunishim, balkim xato bo'lishi mumkin meningmi. Xitoy qo'shinlari 20 mingga yetmagan Xitoy xunallik, xubeylik askarlar Jiroq cho'l jaziralarni aylanib, Arantasda o'milab ki uçakda aeroplan yo'q, tanki bronyeviklar yo'q, raketa yo'q uçakda, shundaymi? En güçlü asker atlık asker oldu. Uçakta top zemberek vardı. İptidai toplar uçağının özüde. Yakupbek'in Qashqariya devletinin koşulları en zamanı qo'rallangan qo'shin bo'lgan. 40 ming asker. Muntazim. Ama avvalgi pidaylarni qo'shganda 80 ming asker bo'lgan. Shu vaqtda Chorosiya imperiyasining Kropotkinda bir Qashqariya degan kitobni o'qigan bo'lishinglar mumkin. Bir hammani. Şu kitabında azırak deyildi. O bir kısmı, onun başka materyallarını kördüm elbette. Şunun deyişçe, Ruslar Yakupbek'den şunda qoqqanda, bu Merkezi Asya muşrayındaki en kudretli güç muşu degan. Biz bununla çıkılıp salsak, bu bütün başlangıç olup O'rta Asya'nın hemmesiga yetakchilik qilib bizga qarshi jang açsa biz mag'lub bo'lib bu yerdan qochamiz deb Yakupbek'ga uzunga chiqilanmagan bular. Chiqilanmay ko'z tutib turgan. Şunun için en ahırda andın Angliya talep kısmı unumay bu joyni Manching imperiyasının qayıp besib elilişiga yol qo'yish usulini qo'llangan. Çünkü bu yerda bir musulmon davlati shakllansa, qudratli davlat shakllansa, Yakupbek davlati agar Angliya tarafidan va aqdan Yevropa davlatlari tarafidan Angliya e'tirof qildi degan gap, Yevropa e'tirof qildi degan gap u chaqda. E'tirof qilinsa, shuningla uning butun O'rta Osiyo rayonini tutib turolmaydi. U yerga ta'sir qiladigan bir kuch bo'ladi. Shuning uchun bu davlat bo'lmasligi kerak degan maqarar. Shu bo'yicha uning ustiga Yakupbek davlatimi Osmanlı imperiyasiga o'zini tava deb e'lon qildi. Ma'naviy jihatdan olganda, siyosiy jihatdan olganda Yetishar Qashqar davlati Osmanlı imperiyasining bir qismi aslida. Asli qoidachi Osmanlı imperiyasi Yetishar davlati ega chiqish kerak oxirigacha. Dünyada kudretli devletlerinin biri buluş süpüdüyle. Onunla tava, onun namıda kutbuda okudu padişahın ismini. Benim padişahım dedi, benim sultanım dedi. Şuna mı? Onun namıda pulkuydu. Manevi cihetine ağanda Osmanlı imperiyasının bir kısmıga özünü tava kıygan, özünü qoğdaş üçün. Bu Rus imperiyasının Qashqariyaning mustaqil bo'lmasligiga, oxirgacha mavjud bo'lmasligini qaror chiqarishidagi eng muhim omillarning biri bo'lgan. Chunki Rus imperiyasi va Osmoniya imperiyasida shiddatli urush davomlashyapti. 1850-yillardan boshlab Qrim urushi. Shundaymi? 1872 qatimlik Rus-Turk urushi. Bu to'xtovsiz 12 qatim urush bo'lgan. Bu butun Kavkaziya mush rayonlarini talishadigan Osiyolik eng qudratli ikki kuch, Rus imperiyasi va Osmanlı imperiyasi. Bu Qrimdan boshlangan urush 1700-yillarda. Davomlashayotgan sharoitda Qashqariya davlati sultonining o'zini Osmoniyaga tava deb e'lon qilishi, u cho'qim uning yenidagi dushmanning uni yo'qitishiga muhim rol o'ynaydigan omil bo'lgan bu bir tarafi.
Bu Yetişer dövüldi demek şunçılık kudret boğan bosmu. Şu vakti Rus harbi casusları, razvetçikleri deydi. Kaşgarya dövüldi, nait güçlük deydi. Bunun 40 bin askeri var deydi. Hemmisi Angliyanın kuralları ile kurallanған, şu vaxtdaki ılgar miltiqleri bilen. Osmanlı İmperiyası bəgən miltiq zembirekler ile kurallanған. Osmanlı İmperiyasının harbi müşavirleri ulağa harbi məşq qıldırıb atқан askerler. O resmi harbi formu keydürgen. O uçaqdaki Qalayımxan kiyim emas. Yakup Bəginin muntizim askerleri. Şun Qashqariya degan kitapni oqsаңlarmı bunu xeli tasvirlaydi. En ahırda ula kilip aşıla casus. Aş Kurpatkin degenler o elçi namı dikegen istihbarat adamlar ula. Qashqariya kelib hamma ko'rib ichki jihat ahvolni arsa o Qashqariya unchalik qudratli emas. Shuning uchun biz qo'rqmaylik degan taklifni bergan. Shu vaqtning o'zida qudratli bir davlat bo'lgan bo'lsa-mu, Yakup Bəgninki shu jiroq cho'llardan kelayotgan Manjur Xitoy qo'shinlari qarshi o'zining 30-40 minglagan askarni bombuz turpanga to'plagan, shuning oldiga qarshi shiddatli jangga otlanmaganda to'sib zarbish. O aksincha Manju imperiyasiga odam evatib, sulh xati evatgan. Yakup Bəgning sulh xati evatgan, yani sulh degan taslim bo'lish emas, suhbat o'tkazish. Masalan, suhbat bilan qilmoqchi bo'lganda, o'tkazish xatining keyingi nusxalari pash bo'lib, hozir e'lon qilindi-ku, bandi bu xat. Yakup Bəg shuni kutgan 5-6 ay. Aşağıdan bir cevap gelse, bular sözleşip, mesela hal qilsam degan anğıcı, içki türlük sebep amullandı, her xil sebepler değildi o. Andaq sebep suiqasd qilingan, mundaq qilingan değildi. Lekin en ahırısı da zərlab öldürülgen. Bazı mənbəlerde zərlənmegen, özü bək açıq yama adamken, o mangdamda birlik açıq kep durgan, özü 50 net yaşandı ölgende. Bu özü ölgen değildi, lekin zərlab öldürülgenligi yeniga Anğıcı işbiyollar her türlü adamını sap boğanda yeniga. Şu değildi, şunundan keyin andın Manju koşulları, Xitay koşulları Qashqariya tarafı ötüdü. Anğıcı Yakup Bəginin evlatları içinde hakimiyet, çoğun oğlu ve küçük oğlu hakimiyet dalışıda dadısı ölgenden keyin. Ula Xitayla soquşmay özara uruşu. Şunun ula aldı öyle andın kaç oldu, birinci olup andın Fergana taraftan kelgen qeyrindaşlarımız birinci olup ula kaçıda tarafga. Şun arkadan bizden adamlar kaçırdı, andın Manju Xitaylar bunu tutubilip, andı yolda onun ilan kıygan ilanı da. Bu yarlık biz adamlığa hiç kanda günahınlı yok, sizlere biz çekilmayımız diye. Şunu olarla aşının arasında Qoqallık olsa, Bukharalık olsa, ulan tutup öldürgende, bunda usul kollanıp, nurgun adamlarını aldaş taktikisi bilen, halkının umumizlik alda karşılık bombaslar kep çıkar. Şunla Manju Xitay koşulları nait asalla, tek Qashqariyani qattiq qarşılıksız, şunçalik askeri güç bolsa-mu, jangsız asası jihatdan qattiq qarşılık, jang boldu elbette. Qarşılık boldu, lekin umum qarşılık köz tutboğuça tezlikte işgal qilib oldu. 1778 yıl 12 ayının 26 günü o deymi. Ahir Qashqarni işgal qildi, aqidin Xotanni işgal qildi, şunun bilan Qashqariyani qaytadan Xitoyning qo'liga kirgizib oldi. Kırgız olğandan keyin o vaqtda Rus imperiyasi bütün 7 şəhərni, Orta Asiyani egallab bolğan, G'arbiy Turkiston'ni. Şunun bilan andın Manju imperiyasi bilan Rus imperiyasi arasında ilini talış meselesi kelib chiqdi. Manjular Zozongtan Guruyi, Xitoylar Turkiston gubernatoriga Rusninki, "Endi sen bizga ilini ber" degan talabni o'tirib qo'yganda, ilini qaytirib ber deganda Ruslar unamagan. Unamaganda andın Zozongtan 200 bin kişilik asker toplayman, endi men senin ola soqışman, men bu Orta Asiyaga, Türkistan'a besip barman, anından keyin senin ola uruşaylı, uruşman, andın alıman degan meseleler çıkıp, şu qaytadan Rus imperiyasi bilan Manju Xitoy imperiyasi arasida, Manju imperiyasi arasida Sharqiy Turkistonni bazı qilib, bir qatim cho'ng urush portlash voqealigi ehtimolli yuz bergan. Shunda vaqtda andın Ruslar Xitoylar bilan Xitoy emas, Manju imperatorlari bilan suhbat orqali, to'xtam orqali ilini qaytirib berish, ilini setish oltiniga, chegaralarni yangidan sizib belgilash deydigan chorani bekitib, shuning bilan 1881 yilda ili shartnomasi, Peterburg shartnomasi deydi, 1881 2 ayning 24-kuni. Shuning bilan bu kelishimni tuzib, Andan keyin Qorg'as daryosi, Mo'sha joyda
Manju imperiyasi bilan emdilik. Bugünkü Xitoy emas u. Esimizde bo'lsin. Yoki bugünkü Qozog'iston emas u joy. Manju imperiyasi bilan Rossiya o'zi ishg'ol qilayotgan Charusiya imperiyasi orasidagi chegara fasl deb mush ilidan tatib Tarbag'tay, Altayning andan janubga Pamirgacha bo'lgan joylar chegaralar belgilanib to'xtam bo'yicha. And a joylar Rus imperiyasininkiga, ma joylar Manjur imperiyasininki tavalligi bilinadi. Shu Turkistonning umumiy Turkistonning g'arbiy va sharqiy Turkiston butun O'rta Osiyoning haqiqiy ravishda parchalanishi, bo'linishi mana shu vaqtdan boshlandi rasmiy shaklda deb men shuna qarayman. Bu jarayon nurg'un voqealar o'tdi, albatta. 7 davlatim yo'qoldi. U Uyg'urlarning tarixidagi eng cho'ng bir fursatdi. Hokimiyat, lekin uningga imkoniyat bo'lmadi. Buning damda Rus imperiyasining o'ynagan rolini aytdi. Cho'ng bu davlatning mavjud bo'lmasligida. Undan keyin 1912-yilga kelgan chaqda Manju imperiyasi yiqildi. Yiqilgandan keyin uning o'rniga Xitoy millatchilari hokimiyatni egalladi, lekin Xitoy millatchilari hokimiyatni tortib olgan bilan Xitoy o'zi texa birlik kelmagan. Xitoy millati texa butun hozirgi atalgan Jungu yoki Xitoy mushu tuproqda texa Xitoy millatining birlik kelgan davlati, hammani boshqargan davlati faqat 49-yilga kelgan chaqda bugungi kommunist Xitoy bu joyni birlik kelgan Xitoy millati bosh tutgan bir hokimiyat sistemasiga akiladi. Onun oldigacha bular o'z ishida urushdi. Kommunistlar bilan Romindang deymiz, bular 30 yilga yaqin bir millat bir-birini qalliq qirg'in qildi. Shundami? Hokimiyat uchun. Ondan keyin bu Xitoylar militarisi bo'lib, shimolda bir guruh, janubida bir guruh bo'lib o'lkalarni bo'lib oldi. O'zlari angacha Yaponlar 1931-yilda Yaponlar Manjuriyani egallab, Manjur davlatini ular yardım bilan Manjur davlati qurildi. Onu degan Xitoy qancha harbiy yurish qildi, asta-asta shimoliy Xitoyni egalladi. 1937-yilga kelgan chaqda Yaponlar bilan Xitoy orasida keng ko'lamli urush portlab, Yaponlar butun Xitoyni egalladi. Mana mushungacha bo'lgan jarayonda bizning Sharqiy Turkistondan yana ayrim voqealar, ya'ni bizning 20-asr tariximizningki eng muhim bir qismi inqilob davri. Umumiy inqilob davri bo'lgan Sharq Turkiston inqilobiy davri kirdi, boshlandi. Endi hozirgi temamda endi mushu 20-asr inqilob Sharq Turkiston jumhuriyatlari bu haqida so'zlayman. Bu ma'vo dokladlar albatta bugungi yig'in uchun maxsus tayyorlanib kelgan emas, bu burun tayyorlanib bo'lgan dokladlar bularmisi. Bu dokladlar ma'vo ingliz so'zlar bugun uchun tayyorlangan emas. Bu burun tayyorlangan, men shuni suratlar bor buning ichida. Ben mushuni asos qilib so'zlayman, albatta ingliz asos emas, shuni sizlarga eskartib qo'ymoqchiman. Bu boshqa xalqaro ilmiy muhokama yig'inida ingliz tilida so'zlaydigan yerlarda berilgan doklad Sharq Turkiston Jumhuriyatidagi. Endi men boyadan bu bizning sizlarga bermoqchi bo'lgan dokladimning birinchi bosqichi. Ya'ni qadimdan tortib shu 1937-yilgacha bo'lgan, 30-yilgacha bo'lgan umumiy bir tariximiz haqida umumlashtirib, qisqartib bir yig'incha qilgan asosda bir bayon berdim. Hamdiki bayonimiz shu 20-asrda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, Sharqiy Turkiston Mustaqillik inqilobi, Mustaqillik harakati, Ozodlik inqilobi, Sharqiy Turkiston tarixi shu davr haqida ma'lumot beraman. Hammalarga ayon bu 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlaridan e'tiboran bütün şu İdil Ural boyları, Kafkaz, Orta Asya, G'arbiy va Sharqiy Turkiston şu keng zaminda bir Türk milliy kimligini tiklaydigan Türkçilik. Uni Xitoylar, Ruslar va boshqalar uni pan-turkizm deb oladi. Ular hech qachon o'zini pan-turkist degan emas. Shu odamlar o'zini nim deb atagan bo'lsa, ashning atagani bo'yicha ataymiz. Türkçilik bir idisi şu İsmail Gasperinski'nin tercüman gizliden başlangan.
Aşındaq bir hərəkət üzlüksüz kengayib, tərəqqi qılıb, 20-ci əsrinin başları kelgan çağda bütün Türkiye xalqlar, Türk dünyasında umumlaşqan bir hərəkətə aylanğan bir ideyaga, ideyi hərəkətə. Şunun bilan bir vaqtda 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin başlarında Müslüman dünyasında, İslam dünyasında oxşaşlar bir İslami bir uyğunuş hərəkətləri küçəyən. Bizning Sharqiy Turkiston Uyg'urlar zimini, Uyg'urlar eli bu tuproq. Ana shu o'zining joylashgan jo'grafiyalik o'rni, jo'grafiyalik ahvoli uning janubda Hindiston, shu vaqtdagi Buyuk Britaniya kontroli Hindiston, Afg'oniston qatorliq davlatlar bilan chegara bo'lishi, uning u tarafi bu Andijon, O'sh, bu yoqda Ili, bu rayonlar orqali G'arbiy Turkiston, ya'ni Rus kontrolligi ostidagi Turkiston rayoni bilan bo'lgan aloqasi, chegaralanishi bo'libmi janubdagi bu Qashqariya bilan bevosita bu Hindiston orasidagi Afg'oniston chegara yo'llari, chunki burungi vaqtlarda butun haj safarlarining ko'pinchisi o'sha Hindiston Ladakh yo'li orqali bo'lgan yo'llar ko'pinchisi. Chunki Hindistonga berib, Hindistondan andin dengiz yo'li bilan Makkaga boradigan ish bo'lganligi uchun ko'pincha safar janub orqali mushaqqatli bo'lsa-mu, janub orqali bo'lgan. Burungi Rus imperiyasi davrida dastlabki vaqtlarda ularning yo'l qo'yishi bilan Andijon orqali mangadigan ishlar bo'lgan. Umuman mana bizning o'sha jo'grafiyalik sharoitimiz, o'rnimiz bu qo'shni O'rta Osiyo rayonida, qo'shni bu G'arbiy Osiyodagi yangi gullanish, ya'ni Türkchilik ideyi ve hareketleri, İslami uyg'unish qatorliq ideyalar, hareketler, her xil uyg'unish, milliy uyg'unish shularninki ideya jihatdan ta'sir qilishiga, yetib kelishiga bir qulaylik sharoit yaratgan, imkoniyat yaratgan. Endi Uyg'urlarning o'zimizdan elib aytgandimi, bu 1878 yılı, 1884 yılda Manchu imperiyasi bu joyni rasmiy ishg'ol qilib, bu joyga Xinjiang, yangi ishg'ol qilingan zimin, yangi egallangan zimin, yangi kontrol qilingan zimin degan ma'noni berdigan o'sha ismni qo'llanib, o'zining bir o'lkasi deb e'lon qilgandan keyin taki 1930 yılgacha, 31 yılgacha bu joyda xalqning bir umumiy qarshilik bir qo'zg'alishi yuz bermadi. 50 yildan ortiq vaqt. Ammo xalq ichida bayatan men degan ana shu turli ideyalar, ideyaviy harakatlar asta-asta qadam jildiz tortdi. 1912 yılı Manjur imperiyasi yıkılışı bilan Manjur imperiyasininki şu vaqtdagi o'lkaga qo'ygan amaldorlardan biri Yang Zemin degan hokimiyatni tatib olib, ülkenin hakimiyetini tatib olib, bu joyni o'zininki oliy hukmroni deb e'lon qilish bilan birlikda amaliyotda bu Beyjingni markaz qilgan shu vaqtdagi Cumhuriyet, Xitoyning nomidagi Cumhuriyet Yuanshkay deganning hükümetiga men sana tava desam, lekin tava bo'lmay o'zi bu joyni ayrim idora qilib oldi. Bu ayrim idora qilish jarayonida qanday qo'llandi deganda, Yang Zemin bu joyda Xitoy uning maxsus Töv istihbar hujrasidagi xatchaklar deydigan mashhur bir kitob bor. Uning da mushu joyga o'zining 17 yil hukmronlik qilishdiki, hech qanday umumiy qarshilik chiqolmay, mushu joyga hukmronlik qilishda qo'llangan butun siyosiy tadbirlari, chora taktikalari hammasi shuning kitobiga kirgizilgan. Qanday idora qilindi? Bu joyda 12 yildan taki 28 yılı o'lgicha o'ltirildi, etib o'tildi o ziyofat maydonida boshqa Xitoylar tarafidan. Shuning uchun bo'lgan vaqtda butun Sharqiy Turkistondagi Xitoy nufusi intayin oz endi. Yo'qmi onda? Nurg'oyadagi odamlar unda bir millatning borlig'ini ko'rgan emas, ko'ziga tushmagan. Shunday sharoitda mushu joyga 17 yilga yaqin vaqt hukmronlik yurgizdi. Bu nəhayət bir tragediyalik davri, Uyğur xalqının bir facialik davri. Bütün dünya uyg'unayotgan, bütün dünyada İslami uyg'unish, Türkçilik ideyaviy gullanish, O'rta Osiyoda jadid milliy uyg'unish harakatlari shunchalik kuchayib avj olayotgan shu sharoitda Sharqiy Turkiston 17 yil mahkumlik ichida, nodonlik ichida qoldi. Abduqodir Damollamlar chiqdi. Yana va boshqa ne zotlar chiqqan bo'lsa-mu, ularning kuchi yetmay qoldi xalqni uyg'otishga iqtidori.
Bunun sebep amilleri nait çoğun. Benim kitabımın bu Uygur umumu tarihininki bu da çıkıdığan tomi Şarkı Türkistan'da 1914 yıldan 28 yılgacha milliy uyg'unish ve siyasi kurashlar deb atalgan tomida 713 bet inşallah birinci ayının neticesi çıkıdı. Şununda mana şu devir şu qanda bo'ldi degan nuqtada tafsili bayon qilingan. Endi şu vaqtlarda Uyg'urlarda her türlü qarşılık fikirleri, hareketleri, Orta Asya'da bu komünist bolşeviklarning hakimiyetini egallashi bilan bu joydagi jadid hareketçilerinin ayrım özünün müstakil devletini kuruş hareketleri bo'lgan Türkistan'da mesela 1918 yıl Türkistan muhtariyeti deb atalgan Türkistan devlet kurulgan bu tunji bir cumhuriyet aqidin yana başka kurashlar bo'lgan bu Oruslar Sovet armiyasi 200 mingdan ortiq qizlarmiya askeri kuchini ishqilib bularni qilliq bastırıp bularni basmıçılar deb atalgan o'zi bastırıp bularni o'zi besib keldi. Ama deyin keyin aqidin 24 yılı kelgan chaqda bu Türkistan'da bir Türk xalqlarining birlik kelgan bir devlet, bir federatsiya, bir hakimiyet kuruş ideyalarini yok qilish uchun bu joyda parçalash usuli bilan Özbekistan Sovet Sosyalistik İttifaqdosh Cumhuriyeti, Türkmenistan Sovet Sosyalistik İttifaqdosh Cumhuriyeti degandek cumhuriyetlarni qurgan 36 yılı kelganda andan Qozog'iston, Qirg'izistonla ayrım cumhuriyet oldu, bunun aldı adli bir cumhuriyet. Bunda hareketler el berilayotgan şundaq bir şaroit. Türkiye bolsa Türkiye Cumhuriyeti 23 yılı kuruldu. Mana shundaq sharoitda 28 yılgacha bizim Sharqiy Türkistan'da umumiy bir qarshilik hareketler bo'ldi. Gerçi aşı men degandek Orta Asya'da Türkiye'ye uyabiyaga berib bir bilimlarni o'rganib kelgan ziyolilar bo'lsa-mu, fikir egalari bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bularning xalq ta'sir yetkazgidek, xalqni yetakligida kuchi bo'lmadi. Yalnızın şu vaqtida uning qo'llangan chorasi har qanday chatdan keladigan xatchaklarni tekshirish, chatdan keladigan jurnal, gazet, matbuotlarni cheklash, chatda diniy tarbiya olgan, bilim ilib kelgan odamlarning masjidlarda imomatchilik qilishiga yo'l qo'ymaslik. Ana kun bu yurtning adimi yana bir yurtga berib, masjidlarda imomlik qilishiga yo'l qo'ymaslik degandek turli hilinayranlar bor. Onun türlü çare tedbirleri özünün kitabında yazıdı ki benim askerim 30 ming deydi. Ameliyatta 4 mingga yetmeydiğen epyumkeş maymak asker. Xitoyninki. Şu asker bilan şu 3 milyon şu vaqtda Sharq Turkiston janubidagi Uyg'ur xalqi. Xitoyning nüfusi 3 mingga yetmeydi. Shuningla 17 yil idora qilgan. Uyg'urlar biz Doppamızı aldığımızı koyup başka nemez şu oyyatıcını oylasak mı? Sebep amillerini. Cık cevaplamamız bununla. Şayet bir sual soraştırırsak mı? Keyin ben dep bolganda sual cevap buldu. Şunun bilan oyyatıcı digidek idare kılıdı. Hem de bu joyda bir mustaqillik hareketlerinin şu vaqtida oyyatıcı bo'lmay, lekin bo'lgan her türlü teşkilatlar kurulgan. Gruplar kurulgan, Uyg'uriston namida hareketler başlangan o vaqtida Orta Asya'daki hareketlerinin ta'siri bilan turli gruplar bo'lgan bilan lekin ular umumiy hareket oldiga kelinmay o'z betida cheklangan. Ikkinchi biri endi qo'shni O'rta Osiyo rayonida yashayotgan bizning Uyg'urlar u vaqtning o'zida nurg'un Qashqariyaliklar, Sharq Turkistonliklar har yili yoz oyida şu medikatçılık kılıp Fergane, Andijan uyabiyaligi baratdı. Bu Uyg'urlar şu yerde turuş jarayonida bazıları mekteplarda o'qigan, bazıları Türkiye'deki bağın dünyadaki özgürlüklerini görüp kallası işilgan adamlar var. Ama bu yerde yerlik Uyg'urlarning, tunji Uyg'urlarning bolşevikleri yetişip çıktı. Ular mı? Şu Sovet Rusiyasiga tayinib, bu chaqda Leninning Sovet Rusiyasining e'lon qilgan chaqiriqi biz şu bütün sharqdagi musulmonlarga yordam beramiz. Sizlarning ozodliklarini qo'llaymiz deb mundaq shuarni ko'tarib chiqqanda, shuninga ishinib, ulumi bu joyda bir qurolli qo'zg'olon ko'tarib, bu joydagi Xitoy mustamlikchi amaldorlarini yo'qotib, o'zimizning davlatimizni quramiz deydigan bir harakatlarni ilib borgan Uyg'ur inqilobiy ittifoqi deydi. Ular qurultaylarni ochgan shu vaqtlarda maxfiy tashkilotlarni qurgan. Bu mening kitobimning shu buda chiqadigan tomida şu teşkilatlarının isimleri, hatta adamların isimleri için nurg'un narsalar bor.
Şuna bolsun, lekin şu vaqtida Sovet Rusiyasi yanılan dünyada hiç kim tarafidan itiraf qilinmagan. Meyli uni Angliya, meyli Avrupa devletleri, Antanta devletleri deydi. Bular hiç qaysi itiraf qilgan olmagan Sovet Rusiyasini. Qolgan dekin Sovet Rusiyasi dünyada yetim aldı qilib qolganda Allah. Şoňa burunqi taktikasini o'zgartirib, bütün Avrupa devletleri bilan ittifoqdoshlik o'rnatish, ular bilan birlashish, hamkorlashish yo'lini tutish jarayonida Beijingdagi Xitoy militaristlarning hukmronligi bor. Ularning kuchi bu Sharq Turkistonga yetmaydi. Ular bilan birlashish bir siyosatni belgilagan. Shu belgilash bo'yicha 1921-yilda tunji qatim Sovet Rusiyasi Lenin boshchiligida Moskvada maxfiy qaror elib, bu Sharqiy Turkistonda hech qanday bir mustaqil davlat qurishga yo'l qo'ymaslik deydigan bir qarorni qabul qilgan. Onun oldida ba'zi kommunist bolsheviklar bo'libmi Latish millatidan bo'lgan Latviyalik bir kommunist rahbari Turkistonda turish jarayonida mush Turkistondan biz inqilob qo'zg'ab yordam berib bu joyda xalqlarda Qashqariya Cumhuriyeti va Jungariya Cumhuriyeti deydigan ikki cumhuriyet qurib chiqayli. Xitoylarni qo'g'lab chiqarg'izib, bu yerda xalq kurashga tayyor hozir. Hammamiz ozodlik ko'rishda otlanish oldi turdi. Jungariya Cumhuriyeti, Qashqariya Cumhuriyeti deydigan ikki cumhuriyet qurayli deydigan loyihani tuzib chiqqan. Buni tuzgan adam Jan Rudzutak deydigan bir Latviyalik kommunist hamda bolshevik. Bu masalani muzokara qilish orqali Lenin hukumati bundaq bir cumhuriyet qurishga bo'lmaydi degan qarorni qabul qilgan 1921-yili 6-oyning 3-kuni, 9-kuni. Bu birinchi qatim Bolshevik Rus kommunist hukumatining tunji qatim Sharqiy Turkistonda bir mustaqil hokimiyat qurishni cheklash qarorininki qabul qilinishi shu. Ondan keyin 1927-yilda kelgan chaqda yana bir qatim qaror chiqarib, bu joyda yana qurolli harakat qo'zg'ashga yo'l qo'ymaslik, kurash qo'zg'ashga yo'l qo'ymaslik degan qarorni qabul qilgan. Bir yoqdan olganda Sovet Rusiyasining ana tashqi jihatdan qilishi, Yang Zemin hukumati bilan savdo kelishim tuzib, uning bilan hamkorlashib, o'ziga tava savdo iqtisodiy jihatdan tava rayonga aylantirib qo'yish taktikasi va boshqa omillar tufaylidan o'zimizdagi turli ichki omillar va boshqa omillar tufaylidan oxir 1928-yilda Yang Zemin degan bu Xitoy amaldori bir qatimlik so'rinda o'zining amaldorlari boshqa uning uchun Xitoylar o'zimi shu vaqtning o'zida Urumchidagi asos markaz qilgan Xitoy amaldorlari Xobeyliklar guruhi, Xonalliklar guruhi, Shanshiliklar guruhi deb o'zlarini nechiga bo'linib, o'z ichida bir-biri bilan bir ustalda o'ltagan bilan bir-biriga dushmanti bular qoldi. Shularning ichida andan ziyofat maydonida etib tashlash voqeasi yuz berdi, bir Yang Zeminni yo'qotdi. Shu vaqtda Yang Zemindan boshqa Xitoy amaldorlari so'raydi ekan, sen bu joyda hech bir askar tutmaysan-kan, bu joyni qandoq boshqurasan deb so'raydi ekan. Bu o'zining tarixi deydi. Bu joyni boshqarish oson deydi. Men deydi, ikki narsa bilan boshqardim deydi. Qanday narsa deb so'rasa, birisi qalam deydi ekan, birisi kallam deydi. Ikki narsa bilan boshqardim. Bu deydi, bu yerda xalqni eng nodon holatga qoldirish, taraqqiy qildirmaslik, kallasini ochmaslik, bularni ittifoqlashtirmaslik, birlashtirmaslik eng chong tadbir deydi. Uni bununga qo'yish eng chong tadbirim deydi. Shuning uchun bu yerda 20 minglab, 30 minglab askar tutishning keragi yo'q. Mening undaq oldigan askar o'g'dak adabim yo'q deydi. Butun Xinjiangda deydi 20 ming Hanzova deydi. Bu 20 ming Hanzova bilan Xinjiangda 2 million odam bor deydi. 2 million musulmon bor deydi. 20 ming odam bilan 2 million odamni qanday boshqara olaysa deydi askar bilan. Uning uchun deydi, mandaq hunar kerak deydi-da, yedi. Kitabımda bu tafsili yazılgan bu ahvallar, jarayonlari detal-detal, endi buning haqida to'xtalsak tema kengayib ketadi. Qisqasi, qanday bo'lishdan qat'iy nazar bu Sharqiy Turkistonda umumyuzlik holda garchi 1915-yillarda bu Ahmad Kamolning maktab etishi va undan boshqa joy-joylarda bu Turkiya Osmonli imperiyasini ko'rgan ziyolilarninki kelib bu Mas'ud Sabriyninki G'uljilda ba'zi derneklarni qurishi, ba'zi ma'rif harakatlarini boshlashi yuz bergan bo'lsa-mu, lekin Yang Zemin u maktablarni bir yoqdan taqab har xil usul bilan uning taraqqiy qilishiga yo'l bergan.
yol vermey, birinci var bulanı ansız kaldırış. Nedensiz dünyadan bir haber kaldırış. Ki o 7. yıl kelgen çağda adamların Hakim Mekke Medine'nin bağızmaslar bulanın işini takıveliş maçarını kullandılar. Üzülüp kettim. Oldu mu? Ha, şu. Şunda bozumu, lekin berber karşılık bu küreş, hareket, ideya berber o ölmeydi. Şunda mı? Umumu bulmusu mu? O tardan, kiçikten bu çoğuyup manıdı. Tarihte Xitay komünistlerimi 12 adam bilen keçip жүрüp, Şanghay'daki bir parkotun üstünde Ruslar bergen şu vaxtdaki 1000 tanki puluyla Mavzudun başlık 12 Xitay komünisti partiya kurgan tarihida şuna mı? Ahırda bütün devletin hakimiyetini tapıp alalığında. Bu tarih hem de. Şuna okşaş, bu erkanda nesem da karamakta tügümeydi. Rohçu vakti gelgen çağda pürüstü buludu. Onun hem imkaniyet, fırsatlar buludu. Berber undaq tosulgan bolsumu 31. yılı kelgen çağda Şarkı Türkistan'da umum inqilab devri yani kirdi. Şu bir yeri keçikken bir vaxtı var. Keçikip kiriş oldu. En yaxşı fırsatlar vaxtı demez, fırsatlar biraz azlıgan vaxtı da kirdi. 1931 yılı 2. ayda bazı menbelerde 4. ayda değildi her xil birlik kelgen tepkiçili yok. Qandal olmasın meyli. Şu vaxtda aldırılan Qumul tağlarında birinci qetim inqilabının umumi Şarkı Türkistan müstakillik inqilabının piltisi yıkıldı. Qumul tağlarında Salih Dorğu'nun başlangıç Hocaniyaz acım emez. Birinci günde Salih Dorğa o vaxtdaki Qumul Xanı'nın bir dorğısı, bir yerlik bir emeldari. Şunun başlangıçlarında aldı bilen Qozgılan başında. Bu Qozgılan hakkında Xitay asker emeldarının Uyghur kızını mecburi xotolluq almakçı bolğanlığı toydaki köreşler bunu Abdurrahim Ötkürümü rahmet yazgan ve başka türlük bunu yaxşı bilisizler. Onu demesem meyli qanday şekilde kötürülgen bolsun, o yalnız bir toyla emas. Bu xalq zaten tayyavuk bolğan desek buludu umumyüzlük. Şu Qumul tağlarda kötürülüşü bilen bu nait tezlikti kengeyip bu Qozgılan 32. yılı kelgen çağda bütün Qumul'un asas icatını şunun koluğa ütüp oldu. Xitay koşulları ne çıkatım Ürümçi'den askeri güç ivetli ulanı tağ uruşlarda Xitay'da tankilerini geldiği için hemmisi mağlup oldu. Andın bu inqilab andın bağan sırı Cenup taraf kengeydi. Cenupta aldılan Turpan vadısıda Maksud Muhiti, Mahmud Muhiti qatarlıqlar başlamçılığında məxfi təşkilatla o kurulup bolğan ularda bula avaz kuşup Astana'da tuncu qetim Qozgılan'ın başıldı Maksud Muhiti, Mahmud Muhiti'nin başlamçılığında. Ahırda şu vaxtın özüde bu Xotendimu, Mehmet Emin Boğra ve İnilleri ve başkalar başlamçılığında təşkilat kurulgan, ulamı hareket ütüp bolğan Taşka hem joyda istiqlal cemiyeti degendek cemiyetler kurulup bolğan. Bular zaten 20. yıllardan tartib bu hareketler var. Fakat kengeyenmeyen basqıçtı dastlabki vaqtda. Bu vaqtda Qumul tağlarından başlangan bu umumi köreş, onun qalbisi xalqning umumyüzlük aldı qozg'ilishida bir güçlük bir ta'sir ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning bilan arqadan hamma joyda qo'zg'alanlar partiyalar o Xitay koşullarının unchilik soni jiq emas, tankilarligidek harbiy kuch mi yo'q. Shuning bilan qisqa vaqtning ichida hammasini tarmar qilib 1933 yılının 7. aylariga kelgan chaqda bütün Sharqiy Turkistonninki Janub shimoli asosiy jihatdan Uyghur, Qirg'iz, ham Qashqardagi bir qism o'zbeklarning qatnashishi, shimolda bu Altaylardagi qozoqlar bulup bulanın qoluğu ütüp oldu. Xitay hakimiyeti fakat Ürümçi'de Xitaylarning merkez qilgan hakimiyeti Jingshurin hakimiyetini yıqtılıb, onun o'rniga Shingsisay bu chiqib, Ürümçi'ni merkez qilgan, Ürümçi ve onun etrafını merkez qilgan bir joylarda Xitaylarning hakimiyeti qoldi. Sharqiy Turkiston asosiy jihatdan mundaq chiqqan chaqda Xitaylardan tazınlıq bo'ldi, Xitay hukmronligidan. Ama vaqtning o'zida vaziyat yana boshqacha bo'ldi. 1933 yılınki 6. aydan başlap bu
Uygurlar bilen, yani Şarkı Türkistan müstakillik güçleri bilen bu Macuniyin'in tungan güçleri arasında Macuniyin arasında ıhtılap gelişki başladı. İkinci katımda. Bu ıhtılapның türlük amıl sebepleri var. Mesela Fukang'da, Cimsar etrafında bu kilişim tüzüşü Hoca Niyaz Hacı'nın şınsı sayı bilen. Bu amıllar var. Onun arka tarafındaki sebep amıllar var. Ve nurgun nesler var. Bu bazı neslerini Abdurrahim Ötkür özünün uyğanğan zimin romanda ilmi şekilde emas, bədii şekilde yazıp çıkmaları için bazı neslerini naq fakt demisanlarmı dastlabki noktadan düşünüşkü boludu şu şaraitlarni. Bu vaqtda yazılgan eslemeler var türlü. İxtilaf bolsun, lekin 1933-yili 11-ci ay kelgende Qashqarda andın şu barlıq joylardagi qurolliq kurashlarni birlik keltirdigan, birlashtirdigan bir hokimiyat sistemasiga to'playdigan bir programmasida Sabit Damollan boshchiligidagi bir qism ulg'or kishilar Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti nomida davlat tuzilmasini qurib chiqdi. Davlat tuzilmasini e'lon qildi. Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti 1933-yili 11-ayning 12-kuni rasmiy turda e'lon qilindi. Hamda mening bu Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetimi deyilgan har xil atalgan shu vaqtning o'zida bu endi hukumatninki qachon qurilgan degan masalada men biraqor izlanib baqdim har xil shakllar bilan. Onun endi qachon qurilganligi muhim emas. Qurilganligi muhim, eng muhimi. Ama qachon qurilganligi, qanday qurilganligi haqida men qisman ozroq asıltib o'tib ketay. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, Sharqiy Turkiston Islom Hukumati, Rais Cumhurimiz degan bu atalg'ular amaliyotda 11-ayning 12-kunidan burun paydo bo'lgan. Sharqiy Turkiston bu Cumhuriyeti degan ba'zi Sharqiy Turkiston Islom deganni qo'shadi. Bu Cumhuriyet şeklinin nomi amaliyotda 1933-yilning 8-9 oylargacha bo'lganlikda bu nom chiqib bo'lgan o'tirgan. Şu vaqtdagi Erik gazeti ve başkalarda bu nam uçuraydı. 33-yıl 8 ayının salları, 10 ayının salları, 11 ayının salları da bu hükümetin balığı mevcut anladığım karaganda. Benim bilişimce bu hükümetin dastlab qadamda Hoca Niyaz Hacı şu Janub tutuş jarayonida Kucha etrafında bu hükümet aparatını to'liq bo'lmasimi tasdiq qilgan bu o'zi. Buniki. Şuna bunun 33-yıl 9 ayının 20 kundaki bu Angliya hükümetiga yazgan, Türkiye hükümetleriga yazgan xatlarının hammasi da o'zini Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti raisi degan atalg'ini ishlatgan. Demek ki bu yerda Cumhuriyet degan hokimiyat qurilmasi o Hoca Niyaz Hacım deganda o askarlar emas, onun endi nurg'un mushavirlari var, maslahatchilari var, siyosiy ong'i ega odamlar var, har xil cho'g'liq. O bir hükümet şekli bağlı'nın kolunda. Bular şu Kuchalığa keldi. Şunu Mehmet Emin Buğra'nın özünün Şarkı Türkistan tarixida 9 ayda özünün Kuchağı adam evetip Reis Cumhurluğunu itiraf qilganligini yazdı. Şu 11 ayda emas bu. Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti amaliyotda şu 9 aylarda bu tasdiq qilinib bo'lgan bunun shakli. Lekin bu rasmiy turda muntazamlashmagan. Hem sistemlik halgı kelmegen, hem dünyaya jakalanmagan vakti, Abbas güçü. 33-yıl 11 ayının 12 kundikisi, Qashqardagisi bu rasmiy murasim bilan devletinin aparatı, hatta Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining Tashqi ishlar ministerini Qasımjon Hacıni 10 ayda belgilab bo'lgan bu Sabit Damollan. Tashqi ishlar ministerimiz debchi. 11 ayı kelgende bu 11 ayının 7 kundaki kechidagi yig'inda, muzokaralarda en ahırda bu hakimiyetninki aparatlari, onundaki ministrlar, nazırlar, muavin nazır kim buldu bu degan narsalarning hammasi bekitilib, onun resmi shakli qurilib bo'lgandan keyin 12 noyabr kuni Qashqarda resmi top etib dünyaya bu devletinin, cumhuriyetinin kurulganlığı resmi ilan kılındı, jakalandı bu yerda. Hoca Niyaz Hacım uçakdaki Aqsu'daki vakti
Şuna biz hem de meyle kim bolsun, o bolsun. Biz şu 33. yıl 11. ayının 12. günden başlap hesaplayımız. Hem de muşu Cumhuriyetinin hakimiyet aparatını təsis qilishidagi ba'zi bir ko'z qarash ixtiloflari, fikr ixtiloflari tufaylidan hakimiyet qatlamidagi rahbarlik sistemasida, rahbarlik aparatida ko'z qarash jihatdagi farqlar, ixtiloflar kelib chiqdi. Bu ixtiloflarni biz rahmetlik Muhammed Emin Bo'g'roning Sharq Turkiston tarixini o'qish jarayonida ba'zi narsalarni his qila olamiz va boshqalardan his qila olamiz. Buningdagi ham turli omillar bor. Albatta uni ham keyin ayrim muzokara qilsak bo'ladi. Bugun muhim emas. Qanday bo'lmasin, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati degan bu davlat rasmiy dunyoga jakarlanishi bilan dunyoda bir uyg'unish elib bordi. Bütün Asiya rayonida, Markaziy Osiyoda, islom dunyosida, Türk dunyosida bir yangilik yaratdi. Shu vaqtgacha islom dunyosida texi bir cumhuriyetçilik fikri bilan, cumhuriyetçilik ideyasini asos qilgan bir davlat sistemasi, Cumhuriyet davlati musulmon islomiy cumhuriyet qurilmagan edi. Buni mana tunji qatim Uyg'ur xalqi va boshqa qarindosh turk xalqi bilan birlikda Sabit Damullamning rahbarligida ve başkalarının qatnashishi bilan albatta Reis Cumhur Xo'janiyaz Hojimba rahbarligida dunyoga barpo qildi. Bu bir zo'r yangilik bu. Mayli uning askeri kuchi qanday bo'lsin, 3 oymi 6 oy mavjud bo'lgan bo'lsin, nim bo'lishi muhim emas. Bu Uyg'urlarning ozodlik kurash irodasini, mustaqil davlat qurish irodasini, ya'ni mustaqil davlat qurgandimi zamonaviy ilg'or davlat qurish ideyasini dunyoga moslashgan bir davlat, o'ziga o'zi xo'ja bo'lgan bir hokimiyat qurish orzusini ifodalab berdi. Irodasini ifodalab. Shuningdan keyingi bütün inqiloblar hammasi shuningdan boshlandi, tug'ildi. Endi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati garchi qisqa vaqt mavjud bo'lgan bo'lsa-mu, u men oldingi kundagi Istiqlol televiziyasining ziyoratidami qisqa shaklda eskartib o'tdim. Bu Cumhuriyet bu bir istiqillik bir hakimiyet emasdi, istiqillik hükümet emasdi. Bu inqilobning dastlabida, bu inqiloblar dastlabki Qumul tog'larida istiqillik shaklda boshlangan. Istiqillik shaklda boshlanganmi, bu dastlabki Qumul tog'larida boshlangan chaqda uning tüp nishoni dastlab vaqtlarda Salih Dorg'a ve başkalarının ideyasi Qumul xalligini asliga keltirishni nishon qilgan. Çünkü Cengiz-Sho'ron Xitoy hükümeti Qumul xalligini 30 yılda 200 yıl, 300 yıldan artıq hükümranlıq qilgan, hatta onun oldini sürüsünü Çağataylar devriga tutuşadigan şu xallikni amaldan qoldirib, Qumulni 3 nayiga bo'lib, 3 nayiga Xitoylarni amalda qilib, Amerikan Uyg'urlarning ustiga hassilab boj qo'yib, bu joyda yeni bir sistem o'rnatgandan keyin bu Qumul xalqining qattiq qarshiligiga uchirdi, norozilikka uchirdi. Ondan ichkirdan Gansudan Xitoy ko'chmanlarini akilib, Uyg'urlarning yerlarini tartib elib, ularga badi ondan Xitoy amaldorlari, Xitoyligi saqchi boshliqlari yerlik xalqni bo'zaq qildi, aybladi, har xil xorladi. Baylıqdan tatib oldu. Mana shunday turli sabablar tufaylidan Salih Dorg'a qatorliqlar qo'zg'olon ko'tarib, oxiri Xitoy qo'shinlarini tarmar qilish bilan birlikda xalqni asliga keltirmoqchi bo'ldi, Qumul xalqini. Amaliyotda Qumul xalqi deganmi, tek-tek qaraganda shu vaqtning o'zida bir g'ayri rasmiy shakldagi mustaqil bir xalq hokimiyat edi. U Manju imperiyasi davridimi Urumchini markaz qilgan, balki Urumchi o'lkadagi Xitoy amaldorlariga bo'ysunmaydi. Taki 12. yılı şu 20. yıllarda mı o başkuruş cihetten Ürümçi Yangzangşan'a boysunmaydı. O üzügü için Turpan gıcı boğan, Şark'ta Gensu çigrası gıcı boğan şunda ken ziminde Qumul Xani Şah Məqsud şu hükümranlık kıladı. Özünün bacı sistemisi battı. Özünün kanun adliye sistemisi battı. Kanuni onun şeriattı. Kanun ölçümü. Anonikin onunki yana başka nurgun amalda sistemisi battı. Yurtlağı dolğan. O joyga xalığancha Xitoy amaldorlari kelib boshqarish huquqi yo'q. Bu joy faqat Beijingdagi Manju davridan tortib
Bejinga imperatorga 2 yılda, bazı 4 yılda bir qatim berip qo'yib, soğuk salam bilan salam berip qo'yib inip keletdi. Bunun işi. Manju amaldorlari moy shu vaqtdagi Manju imperator sening yering bu. Sen boshqa menga faqat bayat qilsangli bo'l dedi. Bu mundaq chiqqan chaqda g'ayriresmiy yuksak avtonomiya degan shu. G'ayriresmiy shu vaqtdagi yuksak muxtoriyat deganning bir xil shaklida bu aloqa. Uning ham ishi aralashmaydi bu. Şuna bu joyni eng oxirida 1930-yilga kelgan chaqda Jinshorin, Urumchilik milliy tarix o amaldan qoldirib o'tgandan keyin Qumul xalqining qo'zg'oloni dastlabda Qumul xalqini qurishni ideyasidan boshlanib asliga keltirish. Bu kengayib, ondan ideyaviy darajaga yetdi bu. 32-yilga kelgan chaqda Xo'janiyaz Hojimning Tashqi Mong'oliyaning evatgan vakillari bilan bo'lgan aloqalarda Tashqi Mong'oliyaga evatgan adamlardan maxsus evatgan xitida özünü Cumhuriyet hükümeti deb ataganda 32-yil Qumul tog'larida turib ularni Cumhuriyet eni bo'lgan. Shuningdek Mong'oliya Cumhuriyeti bilan bizning Cumhuriyetimiz deydi. Ba'zi yerda Chanto deb qo'ydi o'zini Xumayliq nima deyishni o'chaq qalaymagan bo'lgan ekan. Mong'ollimi Uyg'urning ismini bilmaydi o'chaqda. Shular osonroq uqsin deb atagan bo'lishi mumkin shu atalg'ini. Ashundaq Cumhuriyet Chanto degan yo'g'imvash degancha boshqa narsa emas aqtayni. Şunun o'xshash ularda Cumhuriyet eni bo'lgan shu vaqtning o'zida. Şunu bu hujjatlarni biz shu vaqtdagi shu xatning original xatini ko'rganimizda men kitobimning 5-tomini kirgizdim. Bular bor, mazmun tarjimasi ham. Ko'rib hayron qolganim bu yerda. Demak, u Qumul tog'larida ularda davlat bir Cumhuriyet qurish ideyasi bo'lganda ularda. Hargiz dastlabda Qumul xalqini asliga keltirish. Bir 5-6 aydan keyin turibdi. Anadan keyin biz deydi. Bütün hamma yerda inqilob qilamiz deydi. Bizning Turpanda odamlarimiz bor deydi. Xotandan vakillarimiz keldi degan gap bor. Demak, Qumul tog'lari ish boshlanib bo'lganda Xotan, Turpan, Aqsu, Uyabiyadan odamlar kelib, ular bilan aloqa qilishni boshlagan shu vaqtning o'zida. Ondan ani ko'rgandan keyin ularda ideya, ularning oldiga Jiroqiyadan kelib ko'rishga odamlar oddiy odamlar emasda. O cho'qim bir ideyavisi odamlar keldi Alloh bilan da. Şundan bular kemaygan. Demek bizdekisi demek ahirgi hesapta böyle Sharqiy Turkiston mustaqil Cumhuriyeti, İslamiy Cumhuriyet en ahirda qopib bu davlat qisqa olsini o'zining asosiy qonunini tuzib chiqdi. Bu en muhim bir yangilik. O vaqtda hech qanday musulmon dunyosidagi musulmon bir cumhuriyeti bo'lmaganligi uchun bir asosiy qonun degan narsa yo'q edi. Turkiya Cumhuriyetining bor, qolgan Arab va boshqalarniki yo'q. Bu Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti o'zi 12-oyga kelganda o'zining asos qonunini tuzib chiqdi. Uning asos qonunini men o'qib, shu vaqtdagi va keyingi ba'zi davlatlarning asos qonunlari bilan solishtirib ko'rdim. Ularning kelib chiqishida Turkiya Cumhuriyetining qonunlariga oid ta'sir qilgan. Ikkinchisi, bu qonunlarning tuzilishida muhim rol o'ynagan odamlarning yana ba'zilari shu vaqtda 1917-20-yillar orasida bu Turkistonda, G'arbiy Turkistonda jadidchilik, ya'ni yangi ideya, milliy uyg'unish harakatlari qatnashgan nurg'un farg'onaliklar bor. Ba'zilar farg'onalikning hammasi o'zbek deydi, men uni unutmayman. Bularning hammasi aslida Qashqarlik Uyg'ur bu asli. 19-18 hammasi oyoqqa manjologa soqishib, mag'lub bo'lgandan keyin oyoq qechib, yashab, keyingi 20-asrda yana ular o'z jotiga qaytib keldi keyingi avlodlarcha. Ama 20 oxirgi kelgan chaqda u yoqdan kelganlarning hammasini o'zbek qilib qo'ygancha boshqalarga. U vaqtda unda ufqunmi yo'q uning kallasida. Hamma odam qochganda o'zining asli jotiga qochitcha, o'zi tanimaganga qochmaydi odam. Shuna o'xshash bu odamlar kelgandan keyin bu nait ulg'ar fikrlik odamlar ko'pincha, nait ziyoli, ko'p maktablarda o'qigan, ondan bular shu vaqtda Turkiston Cumhuriyetiga qatnashgan. Anikin masalan Munavvar Qori degandek mashhur odamlar bor-ku buning ichida. O odam kelmagan, uning muhim sabdoshlari bo'lgan Abdullah Ishan degandek odamlar bor bular. Bular kelgandan keyin shu Cumhuriyetninki asosiy qonunlarini tuzish ishlariga ko'proq shular qatnashgan. Qatnashib ular şu O'rta Osiyodagi dastlabki Buxoro Xalq Cumhuriyeti deymiz. Turkistondagi şu cumhuriyetlarning qonun ulgularini buning ichiga kirgizgan bular. Shunda bo'lganda bularning asos qonuni nuqul holda yangidan o'zi to'qib chiqqan emas.
Onun ilgiri tüzülgen bazı kanunlardan ağan, ülge ağan bula. Paydalanıp şu devirinin şaraiti bu iç ağanda naiti mükemmel. Oylap bakыңlar, Cumhuriyetinin reisi 4 yıl. Şunda mı? Hakimiyet turdu deydi. Bunun yüzü bir mustabit emesligini gösterip berdi. Hukuku bir tüşüvaz düşmeydiğen emes ağı diyende. Ilgar bir devlet diyen gap ağı. Saylan bilen bulduğun devlet diyen. Anakin Hoca Niyaz Hacım o devletin kurgan devletinin atısı boğallığı için o ebedi buludu diyen. 11 ilgarlık. Şuna mı onun töhpisi? Demek Hoca Niyaz Hacım'dan başkası her kandak adam 4 yıl buludu, saylan bilen çıkıyordu devletke. Anakin vilayetinin valilerini mi halk aşağıdan saylap biktidu onu. Andın onu nazaret kılıdığan organla kurulgan, nazaret kılıdı onu. Şuna mı? O hakimiyetin yüzü bolup, yüzü halıgançı başvurduğu iş yok. Onun aslıdakiler nazaret kıldığan grup bu var. Bu onundan anakin ılgarı sanat, tarakkiyat, dünyadaki şu vaxtdaki devletler biletde alak kılıç deydi. Hatta şu vaxtdaki Nancın hükümeti bilen mi alak kılımız deydi. O diyen gap, tan beraber alak kılımen diyen gap. Onun boysunumen diyen gap emesi. Şu vaxtdaki dünya devletler ittifakı deydiğen teşkilat var. O çağda ama birleşken devletler teşkilat yok. Onun şu vaxtdaki ayrım şekli var. Şunun bilen mi alak ontuş deydi. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin demek, elbette onun için bazı yerde Şarkı Türkistan Cumhuriyeti deydi, bir yerde Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti deydi. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti diyen İslami hükümetimiz diyen atalgılar aralaş şekilde kullanılgan. İslami o fakat eniqlimisi arastık yani ki. Boğan, şunu Sabit Damollam'ın devlet nutkına okusanlar mı 12. noyabrda. Nurguyada hükümetimiz değilgen de amanda. Şuna okşaş, Angliyanın hüccetlerinde mi, Angliya diplomatlarının mi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti diyen atalığını kullanılgan. Şarkı Türkistan Türk İstiklal Hükümeti diyen atalığılar işletilgen her xil şekildeki. Lekin devlet onunki kanuni ve umumi nimisini özünün atışı bu içe namı İslami Cumhuriyet, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti. O Türkiye Cumhuriyeti'nin köp modeli ilişkitiriştiği mesela bayrakның üzü. Şunda mı? Şu vaxtның üzü de. O devlet başkuruş usullarından ügendi idiye. Nurgun nəsilerde ılgar devletlerden ügünüşke. Hatta Sabit Damollam'ın şu vaxtның üzü devlet bayanlamasında biz hoşuna hiç kandak devletler bilen düşmelleşmeyimiz diyen gibi var. Hemmesi bilen normal alak kılımız diye. Şunun için 34. yılı 1. ayda bula oldu bilen Sovyetler İttifakı'na 5 kişilik vekiller ömrünü ivetti. Sovyetler İttifakı'nı düşman dep jakalın. Çünkü ular tecrübelik boğallık için, tecrübe toplağanlık için bunun düşmanlığı uçurap kalmayıl dedi de. Kudretlik devlet boğallık için 5 kişilik vekiller ömrünü nait zor altın bilen Gulamdin Paxtı Rahmetlik'nin dadısının anlığını bu hiç sözlep berişçe 5 atka neç horcun bilen at mangıda özleri ayrım atkı minip 5 atkın neç horcun altın kümüşünü atıp apırıp diken. Bunun sanı kançılık onu bilmeyimiz. Ameliyatta şu altınlardan kançılık hikayeligi de Sovyet'nin arxivlerde sanı enik bir yedi. Bak. Altın kümüş, zencirmiş, nimilden tatlıpelik, hemminizi büzünlet. Şularını. Onu Sovyet hükümetinden birisi koralanmakçı oldu. İkincisi Sovyet hükümetininki itiraf kılışıga erişmekçi oldu. Sovyet hükümetin ulan nait kızgın karşılayıp, nait yukarı hürmet bilen muamele kılıp, sizler berip durunlar, biz akıdın sizlerge yardım berimiz dep koyup, ondan keyinki hikayelerini peyda kıldı. Ama dinken Angliyaga adam ivetti. Hindistan şu Angliya şu vaxtdaki düşüncesi boyunca. Afganistan'ın vekillerini ivetti. Bu devletler bilen diplomatik münasebet ornatmakçı oldu. Lekin o vaxtdaki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, Şarkı Türkistan hükümetinden ibaret bundak bir hükümetinin Merkezi Asya rayonunda tuyuksuz peyda buluşu, bunun birlik gelgen bir güç, bir devlet buluşunu, onun yendiki hiç kandak güç halımıdı. Mayakta Angliya hükümeti. O Hindistan'ı kontrol kılıp atkan. Hindistan'da müstakillik hareketleri davamlaşıp atkan. Şuna mı? Her xil hareketler küçüyüp atkan. O yakta bolsa Germanlar mı uçakda Hitler Germaniyası hakimiyetini kolga algan dinken Afganistan arqılıq Orta Asiyaga sınıp kirişke başlagan. Çünkü onun rakibi Angliya. Mayakta Sovyetler İttifakı bilen Germanlarның münasebeti buzuluşka başlagan. Onun aldı ittifaklaştı. O mu
bu joyda o'zining yinida bu yerda Angliyaning, Germanlarning uning qat ko'tarishini xohlamaydi. Buning qo'ltiqidi deb qaraydi. Ondan sharqda bo'lsa, Jiroq sharqda bo'lsa Yaponlar bosh ko'tarib, Yaponiyaning himoyasi ostida Manju davlati qurildi. Qurilgandan keyin Xitoy Sovetlarning eng cho'ng andisi Ruslar qaytadan, Yaponlar qaytadan Manjuriya orqali bizning Jiroq sharq hujum qiladi deydigan qo'qish paydo bo'ldi. Chunki u chog'da Sovet Rossiyasi baribir ojizdi. Naiti kuzatdi, andish qildi. Ondan Majunning bu tunganlarni Yaponlar bilan birlashib olgan bo'lishi mumkin degan qo'qishga tushdi bular. Mana bu shundaq turlik sharoitda bizni Uyg'urlarni bo'lsa, kim bilan birlashib oladi degan narsaga tushdi. Oyoqda Turkiya bilan munosabati yaxshi edi, Turkiyadan ancha andish qilmagan u chog'da. Ama asaslıq mana bu Yaponiya andisi, Jiroq sharqdagi, mayaqdagi German andisi, anonkin Angliya andisi nayt kuchlik bo'libmi? Yapon andisi bizdan Jiroq bo'lsa-mu, lekin Sovetlar hukumati uchun eng qo'rqinchli andisha shu Yapondan keladi degan Jiroq sharq Manjuriyadan. Bizning demak Sharq Turkiston Cumhuriyati shu vaqtning o'zida murakkab bir sharoit. Xitoyning ichki qismida bo'lsa, Xitoy kommunistlari bilan bu Gomindan hukumati orasida bu Janubiy Xitoyda qattiq urushlar ketyapti. Sovet Rossiyasining himoyasi, qo'llashi, yardım ostida Xitoy kommunistlari Jiangxida o'zining Sovet Cumhuriyatini e'lon qildi. Shu vaqtlarda Xitoy Sovet Cumhuriyatimi o'zining bayonnomasida asos qonuniga, hatto 34-yilga kelgan chog'da bu Xinjiang va boshqa joylardagi musulmonlarning, xalqlarning mustaqil bo'lishini e'tirof qilamiz, xolis chiqib ketsa bo'ladi deydigan moddalarni qabul qilgan. Chunki boshqalarning himoyasiga erishish, qo'llashiga erishish uchun hammamiz chiroyli gaplar bilan endi taktik qo'llanganda shu vaqtimizda. Xitoy kommunistlari 21-yildan tortib 47-yilgacha o'zining butun xitobnomalarida, qarorlarida shu millatlarning xolis chiqib ketib, o'zi boshqarish huquqiga erishsa bo'ladi, davlat qurish huquqiga ega degan narsani izchil ta'kidlab kelgan. Ammo 49dan keyin u gaplarning hammasidan yongan. Bu o'zining Xitoy tarixlarida aniq turibdi bu gaplarning hammasi. Men demasam bu. Demek şu vaqtdagi Sharq Turkiston inqilobi ana shundaq vaziyatda. Bu o'lkadagi Xitoylarning kuchi ojiz, u vaqtida hech qanday askariy kuch kelinmaydi ichki Xitoydan. Bundaq sharoitda Sovet Rossiyasi bu joydagi hal qilg'uvchi kuch sifatida o'tirg'i chiqdi. Bu qanday hal qilg'uvchi kuch sifatida o'tirg'i chiqdi deganda, u bu joyda bir mustaqil bir cumhuriyat, ya Turkiy cumhuriyat yoki İslami Cumhuriyet, yoki Uyg'uriston Cumhuriyeti. Bazı qarindoshlarimiz Uyg'urlar Sabit Tamullam Uyg'uriston degan bo'lsa, o'rislar ko'z yumboldi, qo'lladi. Undash yo'q. Uyg'uriston bo'lsangmi yo'qolsa, u vaqtda o'risninki Sovetning Sharq Turkiston bo'lsangmi yo'qolsa. Men mani hujjatli qarab da'vatim jimama gapni. Men hissiyotim bildim. Bir gapni deyish uchun faktim bo'lish kerak. Bir nimani ko'rib turibdi. To'g'ri emasmi? Kömey turib sözleş asan, lekin bir nimani ko'rib turib aşır. Men ko'rgan hujjatlar bo'yicha olganda Sovet Bolsheviklar partiyasining ichki yig'inlarining qarorlari, shu Rus qarorini o'z ko'zim bilan o'qib turib bilganlarim bo'yicha Sovet hukumati qanday shaklda davlat qursam, Sharqiy Turkiston u yo'q, uning qarshi vaqtimizda. Chunki u undaq davlat qanday shaklda qurilsa, o'ziga xatar oldi bilan. O sen Uyg'urlarni yaxshi ko'rsimi o davlat qurilmaslik kerak, o'ch ko'rsimi qurilmaslik kerak. Bu bir millatni yaxshi ko'rish, o'ch ko'rish degan gap bo'lmaydi. Bu mening davlat manfaatimga uyg'unmi, uyg'un emasmi degan gap bo'ldi. To'g'ri emasmi, ha? Uyg'un bo'lmasa sening qarindishingni sotadi seni. Bugungi reallik mavjud emasmi har birimizning ko'zimizda? Shunga shu nuqtadan olganda o Sovet Rossiyasining mayli Lenin Rossiyasi bo'lsin, keyingi Stalin Rossiyasi bo'lsin, hech qaysida bu joyda haqiqiy turda bir mustaqil davlatning bo'lishini qo'llash deydigan bir qaror bo'lgan emas. Uyg'uriston harakati deganni o'zi qo'llagan, kerak bo'lganda Sharq Turkiston harakati deganni o'zimi qo'llagan, kerak bo'lmaganda uni o'xshashli besib qo'ygan, o'xshashli bergan. Keyingi
bu dokladlarımızın ahir kısımlarında bu vakit toxtalımız. Demek 33'teki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti meyli Sovet İttifakı'nın itiraf kılış için elçilerini yuvasın, kanda buluştun qat'i nazar, Sovet hükümetinin çıkargan kararı bu jayda qat'i müstakil devlet bulmaslık. 1933 yıl 8. ayının 3. günü, 8. ayının 3. günü Sovet Bolşeviklar Partiyası Merkezi Komiteti Stalin başçılığında 12 adamın katılışışı bilen 9 maddelik məxfi karar kabul kıldı. O vaxtda bizning Şarkı Türkistan inqilabı bütün hamma yerda kengayib, Xitoy hokimiyati Urumchidagi bir yerga berib bo'lgan. Shingsi Saymun ayt aciz holatda aram mavjud bo'lib turayotgan vaqt. Onun oldida Sovet hükümeti Varshilov, Tashqi ishlar ministri, Davlat mudofaa ministri Varshilovning boshlamchiligida 6 oyda Xinjiang tadqiqot ishxonasi deydigan bir ishxonni qurib, uningda mushu joyda bo'layotgan qo'zg'olonlarni qumuldan tortib butun hamma joyda nima bo'layotadi zaten. Bular nima qilmoqchi? Mushuni kuzatish kerak, o'rganish kerak deydigan belgilar bo'yicha ular bir oydan ortiq o'zining istixborot xodimlari orqali bu yerni o'rganib, tushunib bo'lgandan keyin ular Tashqi ishlar muavin ministrining boshlamchiligida bir doklad tayyorlagan. Doklad bo'yicha bu joyda hargiz mustaqillik harakatini qo'llamaslik kerak. Bu joyda mustaqil bir davlat qurulmaslik kerak. Bu nayda Sovet hükümeti uchun xatarlik degan qarorni yakunlab bergan. Shu bo'yicha siyosiy buyruq yig'in için 33-yili 8 ayning 3 kundagi qarori bo'yicha birinchi Xinjiang Jungundan ayrılmaslik kerak deydi. Jungunun yeri bo'lishi kerak degan gap. Birinchisi. İkincisi de bu joyda davlat qurish bo'lmaydi. Ashuning ichiga kirdi bu gap. Üçüncüsü de nima bilan Majunginglarni yo'qotish deydi hatta. Ondan yerlik bu qo'zg'olonchilar bilan Urumchi hukumatini birlashtirish deydi. Yani Xo'ja Niyozojo'li keyingi vaqtida Shingsi Sayni suhbatlashtirish degan gap ana shu shaklida shu. Bu 9 modda degan programma bo'ladi. Bir ikki jumlada. Shunami? Bu programma ondan odamlar tarafidan har xil shaklda amalga oshirildi uning jarayoni. Shu qaror bo'yicha Sharqiy Turkistonning taqdiri bekitilib bo'lgan. Shundan keyin yana 33-yili 10-oyda, 33-yili 11-oyda davomli qaror qildi. 33-yili 10-oyda bu Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti rasmiy e'lon qilinmagan vaqtida Majungingning Tungan qurolli kuchlari Turbanni ba'zi qilib, Turpandan Urumchiga 11-oyda umumiy hujum boshladi. Majunging. Endi yana bir masala bor, yana sizlarga eskartib qo'yay. Ko'pincha Tungan kuchlari Tungalla deb so'zlaymiz, shundami? Urumchi hujum onun 60% askeri Uyg'ur. 60% asker. Angliyalik tarixshunos Andrew Forbes o'zining kitobida Majunging qo'shinlarining 65%i Türklar, Uyg'urlar, Turkiylar deydi. Amaliyotda Uyg'ur. Uning Majungingning ichkaridan 34-yil ikkinchi qatim chiqqan, boshlab chiqqan askari 3 mingga yetmaydi adam. O 3 ming askarlar ishlam qilinmaydi. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Uninki askarlarning mutlaq Urumchini birinchi qatim 33-yil 2-oyda Urumchini qorishib olgan, Urumchiga hujum qilgan, Mashimin degan Tungan komandirligidagi qo'shinning mutlaq ko'p qism askarlari Uyg'urlar. Lekin tarixda bular hammasi burunlanib, xato alda uning komandirlari Tungan bo'lgan ekan, boshliqlarning hammasi Tunganchi, o'ldiganlarning hammasi Uyg'ur askarlarining mutlaq ko'p qismi. Şunu çoğuldan sorsanlar, Tungan'a asker olgan vaqtında deb so'zlaydi. Shunaqa Uyg'urlar. Ha? Tunga yig'ilg'ida desab, qarasa Uyg'urlar Tunga yig'ilib qatnashib qolgan. Kimning adimi? Majung Tunganning askarida Uyg'urlar. Chunki Tunganlar Majungning biladi bular. Bu asker necha million odam yashayotgan yerda bular uning ustiga musulmon. Shunami? Askarni mushildan olmay nerdan ekelaman deydi-da. Shunga Turpan qechib kelib, Urumchida mag'lub bo'lgan deydi. Turpanni ba'zi qilib turdi 3 oyda. U yerda pul chiqadi, u yerda xalqdan ochliq chiqdi. Shu vaqtning o'zida butun Turpandan askar oldi. Ondan Qumuldan askar keldi, Yo'lbos nurg'un askar edi. Ondan Qarshi atrofidan askar keldi. Tungan qo'shinlar kelgan yerdan oldida yerlik odamdan askar oldi Uyg'urlardan bu. Şu Urumchiga hujum qilgan Majungingning qo'shinlari Tungan qo'shinlari atalmış. Bunun ameliyatda 20'den ko'p 60% Uyg'ur askarlari shu Urumchini qo'rshagan shu. Faqat komandirlar shu, o komandirlar nayt vahshi Tungan komandirlar. Buyruqqa bo'ysunsiz otida o'ltirdi, uning hikoyalari jiq qo'ydiq. Ashuna u bir muntazam Majunging qo'shinlari muntazam armiyada o'yliqi.
Күнде әскерді мәшік қылдырды, найты ченықтырды. Мәсән, Хотеліне 3 жыл бесіп алғанда, Хотеллікlerden әскер алды. 13.000 kişi yetkizdi. 13.000 kişilik Mahusеннің Tungan'ını Хотелini egellep yatkan askerinin əməliyyatda 60% Hotellik Uyghur askerler oldu. O Uyg'urlarni әкеліп hərbi məşq qıldırdı, nurgun rivayetler bağı xalq işi Hotellik. İgiz dağlardan səkirt məşq qıldırdı, Uyghur balını tutup gelip. Ular beşivli tik düşüp ülep ketken vakalı var əslimlərdi. Şunçilik qattiq hərbi intizam bilen çenik doğan. Mehmet Emin Buğrami deydi, Tungallar soqışda məğlub boluşduk səbəblərinin birini bizdə əskeri tərbiyenin bolmağanlığı deydi üzünün. Əskərə adam var, amma an yox. Əskeri an yox, əskeri tərbiyə yox, əskeri çeniqiş yox, məşq yox. Orada keteyversən, pulemotdan tataltab bir oq çıxsı jıqılayversən də şu. Ayında ki. Şuna bu səbəblərdən şu dəvirdə Sovetler hamda bu joyni biz qat'iy Uyg'urluğa mustaqil qildurmaslığımız kerak degan şu qaror bo'yicha oxiri Majungyingni yo'qotish, Sharqiy Turkiston bu islomiy jumhuriyatini yo'qotish, uni o'zi askariy kuch bilan emas, diplomatiya taktikasi, harbiy taktika Majungying qo'shinlarini Urumchidan qo'g'lab janub surish orqali, uning kuchi orqali yo'qotish bo'lsa, Majungying qo'shinlari Tungan atalmış Tungan güçleri bilen Uyghur güçleri arasında uruş partlatqızış bularning uchun o'z yig'ini o'zga sho'da qorishmau. Shu nurg'un chora tadbirlar bor. Shu bo'yicha eng oxirida undan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati 33-yili 2-oyning 34-yil 2-oyning 5-kuni kelgan chaqda bu Xo'janiyaz Hojim uning oldida 1-oyning 13-kuni Mahmud Muhiti bilan birlikda Qashqarga yetib keldi. Yemişani qo'rshash urushi qatnashdi. Angacha Aqston qo'g'lab mangan bu Tungan qo'shinlari qo'g'lab kelib, shuning bilan Yemishadagi kuchlar bilan bular birlashib, oxirida undan 2-oyning 6-kunida Sabit Damollan bular hammasi Qashqar shahrini tashlab Yemisag'a berib o'tishga majbur bo'ldi. Endi uning uchun bo'lganlikda albatta Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati boyadan men degandek özünün asas kanunu var, devlet aparatları var, 9 ministerlik kurulgan, naydı mükemmel bir sistemi, başvuruş sistemisi bo'lgan qisqa olsun. Onun devlet bank sistemisi var, maliye sistemisi var, özünün pulu var, matbuatı var, kanunu var, hemmisi var, mükemmel bir devlet derecesiga yetken. Bak qisqa vaqt ichida. Jiq ishlarni qilmoqchi bo'lgan, jiq planlagan, diplomatiya jihatdan chet ellarga vakillarni yuvatgan, diplomatik aloqalarni o'rnatmoqchi bo'lgan, ammo uningga ulgurolmadi. Qanday bo'lmasin, qisqa vaqt bo'lsin bir davlatchilik qurilmasining asosi qurilmish shaklini barpo qila oldi. Agar u mavjud bo'lgan bo'lsa, shu qurilma bo'yicha oldiga mangadi u. Ammo Sovet omili, ichki omillar o'zimizningki, tashqi omillar va boshqa turli omillar tufaylidan bu jumhuriyat mükemmellashguncha 2-oyning 6-kuni urush sababidan oxir bular tashlab chiqib ketishga, oxirida andin bu urush asosligi andin Tungan qurolliqlari bilan, Tungallar bilan Majungying kuchlari. Endi ular bilan oldin orasidagi urush tüpeyildim, məğlub olub 4-cü ayı gəlgəndə bu inqilab umumizlik halda tügüdü birinci qatımlıqda. Ya da Xo'janiyaz Hojimning Erkeştamı keçib beriş məselesi var. Erkeştamda Sovetlar bilan kelishim tuzish məselesi var. Nima uchun kelishim tuzdi degan gaplar bor. Shundami? Bir nurg'un masalalar bor, uni so'zlaymiz desak, har nimaga bir savol, har birisiga javob. Shundami? Minglagan savollar bor. Uning hammasiga javob berishga biz tayyor, ammo balki vaqt yetmasligi mumkin. Vaqt qiz. Shunga o'xshash oxirida andan Xo'janiyaz Hojimlar shu vaqtdagi vaziyat sharoitga qarab turib, Sovetlarning o'ttirg'i tushishi bilan bu ishni o'zgartib, Urumchiga berishga yo'lini tutdi. 34-yil 8-oydan boshlab Urumchining muavin raisi bo'lib, Shingsasay bilan Sovetlarning siyosiy programmasi bo'yicha birlashma hukumat, ya'ni musulmonlar bilan Xitoylarning birlashgan shaklda birisi Xitoylar bir yana boshqardi, Uyg'urlar muavin bo'ldi.
Hatta bazı vilayetlerge valilikni, nahiyelerge hakimlikni Uygurlar tuttu şu an. Onun için hiç kanda Xitay ya Manchu imperiyasi, onun keyinki hiç kanda Xitay, hiç kanda Uygurga bu ülkenin malınlığı, nahiyenin hakimliği deyilgen hukukunu berip bakkan emas. Şundan keyin tunji qatam bo'ldi, ammo 37-yilga kelganda yana Shang Sisay o'zining asli mayitini pash qildi-da. O mayiti nima degancha uni yo'l qo'yish yo'q. Oxiran umumizlik oldi tutqun qildi. 37-yilga kelganda Abduniyoz Kamal boshlamchiligida ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston mustaqillik qurolliq harakati yuz berib, Majumiyim qo'shinlarini Xitoy qo'shinlarini butun kuchog'i qo'g'lab chiqadi. Bu vaqtda Sovet hukumati ikkinchi qatim bir diviziya, taxminan 4 polkdan ortiq askariy kuch, 25 aeroplan, 20 degan tanklarni evatib, otliq piyoda Buronniy qismlari bilan Abduniyoz Kamal qo'shinlarini uchaga tungan Mahusan bilan birlashgan ular. Bularni tarmar qilib, oxirida qaytadan Shang Sisayga bu o'lkani tutib berdi. Demek bu mustaqil devlet, bu Shang Sisay alanmaydı hiç kaçan. Bizler Uygurlar, Şarkı Türkistan halkı hiç kaçan harbiy urush yoki jismoniy jihatdan jangda yengilgan emas tarixda. Siyosiy jihatdan yengilib o'tgan ko'pinchisi. Tashqi kuchlarning. Shuni ular oxirdan Shang Sisay qo'shinlari, Sovet qo'shin, hal qilg'uch omil Sovet qo'shinlari berdi. Sovet omil. Shuning kuchlari yardım bilan Sharqiy Turkiston qaytadan andın Shang Sisayning hukmronligi o'tib, Shang Sisay andın taki 42-yilgacha Sharqiy Turkistonda o'lkada Uyg'urlar elida umumyuzlik olib tutqun tozalash elib berib 100 minglab odamni, ba'zi manbalarda 80 ming, ba'zi manbalarda 50 ming, ba'zi manbalarda 500 ming deydi mayli. Qanchalik bo'lsa umumyuzlik tutqun qildi. Hojiniyaz Hojimning o'zini tutqun qilib turmaga solab o'ltirdi. Yunusbek u bu deb burunqi Sobiq Sharq Turkiston Cumhuriyetining bir qism amaldorlari Islom Cumhuriyetining o'lkada Mavun rais, ba'zilar boshliq u bu bo'lgan emasmi? Viloyatlarga vali bo'lgan Sali Dorg'a deganlar u bo'lgan. Hammasini tutib solab, o'ltirib ziyolilar mentali tavb. Uchoqdagi 33dan 37-yilgacha Uyg'urlarda bir yangi ideya bo'lib, umumyuzlik oldi ma'rif aqartish harakati yuz bergan vaqtda. Hamma yerda maktablar ichilib, hamma yerda bo'lib Uyg'urlarning eng savodlik darajasi shu vaqtda shakllangan. Umumyuzlik oldi. Buni ko'rgan bu Shang Sisay bu xatarlik ato'gin hamma nimadan orilma ekan. Uchoqda Uyg'urlar o'yg'onib bo'lganda, xalq ichida umumyuzlik savodsizlikni yuyish harakatlari bo'lgan. Hatto ba'zi cho'nglarning aytishicha shu vaqtda kech-kechada odamlar chinchiroqning ostida o'tirib savod chiqaradigan darajaga yetib ekan odamlar. Shunchalik bir do'lqin ko'tarilgan. Ammo uning hammani ujiqtdi 37da. Shuning bilan oxirandan ikkinchi qatimliq 1944-yildagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, Sharqiy Turkiston inqilobiga yetib keldi. Bu odamda Sovetlar siyosati yana bor, yenimizda bor davlat, qudratli davlat shu bo'lgandan keyin uning siyosati bizga ergishib yurganda har zaman. Her bir yıl, her bir ayda onun siyasi belgelerimiz çıkıp durgan. Her bir ayga qarab turib, vaziyat qarab turib siyasetini belgilep durgan. Şundaq yüzlegen hüccetler var. Göz aldım kitaplarımga nurgun ayında hüccetlerinin tercümesini kirgizdim, üzüldüler. Şunu ola ikinci qatimliq hem de Sharq Turkiston Cumhuriyet inqilabı devri keldi şu. Hem de şu 43-yil, 44-yildan 49-gacha bo'lgan vaziyat Sharq Turkiston Cumhuriyeti ikkinchi qatimliq. Bu haqda ozroq ma'lumot berib o'tay. Bizning mana bu birinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetining jangchilari, amaldorlari shu vaqtdagi mana bu mashhur suratlar. Mikrofon ovozi O'chib qoldimi qanday? Bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining askarlari mana bu Sabit Damolla hammalar bilasizlar. Mashhur suratlar. Mehmet Umurboğra, Majumiyim, Mahfusan. Hamda o'zimizningki nima kelsak 43-yil, 44-yil kelganda e, 1943-yilga kelgan chaqda dunyoda umumyuzlik o'zgarish
yüz berip bu özgürüş yuqur palligi chiqdi. Hammanglarga aydın 1939 yılı German armiyasi tunji qitim Polshaga kirdi. Yaponlar 37 yılı Xitoy Gomindan armiyasi bilan umumiy urush elib bordi. 41 yılı kelgan chaqda German armiyasi Sovet ittifoqiga hujum qildi. 41 yılı 6 yağış boğarlıqda German armiyasi asas jihatdan G'arbiy Yevropani egallab bo'ldi. 41 yılı 12 ayga kelganda Yapon qo'shinlari bütün Sharqiy Janubiy Osiyoni asosiy jihatdan kontrol qilib bo'ldi. 12 ayga kelgan chaqda Amerikaning Pearl Harbor portiga hujum qildi. Parxodlarni cho'ktirib o'tdi. Demak, dunyo shu vaqtning o'zida ikkiga bo'lendi. Bu nima desangiz, Hitler Germaniyasi, ana degan Italiya, Yaponiya, Sharqda Yaponiya, Yevropada Hitler Germaniyasi va Italiya. Bular hammasi bir ittifoqdoshlar. Dunyoda bular shu vaqtda fashist kuchlar deb ataldi, fashizm deb ataldi. Ana degan bu yerda hujum uchragan Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Sovet ittifoqi qatorliq bu davlatlar ittifoqdosh davlatlar oldiga keldi. Ideyasi o'xshamasimi? Bular German aşılar qarshi İtaliya, Yapon faşizmga qarshi ittifoqdoshlik o'rnatdi 43-yilda. Shu vaqtning o'zida Sovet ittifoqining bu urushda mag'lub bo'lishi, ko'p janglarda mag'lub bo'lishi, tarmar bo'lishi, hatto uning yo'qolish ehtimolligi shakllanayotgan sharoitda Urumchini markaz qilgan shu vaqtda Sovetlarning bir qo'nchig'i bo'lgan, qo'rchig'i bo'lgan, Sovetlarning qo'lidagi o'yinchi bo'lgan Shingsesay. Bu Shingsesay hukumati demak, Xinjiang hukumati demak shu vaqtdagi u hamma narsani amaliyotda kim boshqaradi desangiz, tektak naganda Sovetlar o'zi boshqaradi uni. O'zi kontrol qiladi. Uning hech qanday bir o'zining ayrim mustaqilligi yo'qdi. 43-yilga kelgan chaqda Sovetlarning ojizlashganligidan foydalanib Shingsesay Sovetlardan yüz o'rib, Gomindan hukumati bilan Chongqingga berib, Chiang Kai-shek hukumati bilan birlashib, o'zining uningga tavba deb, asta Sovetlarning ta'sirini bu joydan siqib chiqarishga, qo'g'lab chiqarishga harakat qilib, Sovetlarning nayta g'azabini qo'zg'adi. 44-yilga kelgan chaqda Shingsesay asos jihatdan Sharqiy Turkistonda Gomindan Xitoy hukumati bilan birlashib, bu joyni Sovetlarning ta'sirini asos jihatdan kontrol qilib bo'ldi. Mana bu tashqi jihatda Sharq Turkistonning shu chaqdagi vaziyatini olib o'tgan chaqda bu Amerika, Angliya qatorliq davlatlar bilan ittifoqdosh bo'lib, oyoqda Hitler Germaniyasi, oyoqda Yaponiyaga qarshi harakat qilayotgan sharoitda bu Shingsesayning bu yerda bu Xitoy Gomindanning o'ynagan bu harakatlaridan Stalin mayda g'azablandi Sovet hukumati. Uning ustiga yana kelib 44-yilga kelgan chaqda 43-yilda shu vaqtda Chiang Kai-shek hukumati Urumchini markaz qilib Amerika, Angliyaning konsulxonalarini qurib chiqdi. Bu mu shu vaqtdagi Sovet hukumati uchun ancha xo'sh bo'ldigan ish emasdi. Mana shunday sharoitda tashqi munosabat nuqtasini olganda, tashqi munosabat jihatdan aytdi Sovetlar bearam bo'ldigan bir vaziyat shakllandi. Ichki jihatda Sharq Turkiston xalqimi Shingsesayninki, Uyg'ur va boshqa har millat xalq, qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar hammasidagidek, hatto Sharqiy Turkistonga ko'chib kelib yerlashgan ruslarmi bor. Ular burun Jingsho'ronga askar bo'lib, Sovetlarning bu yerni bostirishida rol o'ynagan bo'lsa, keyingi vaqtlarga kelganda ularmi uning zarbasiga uchrab, Sharqiy Turkiston inqilobchilari tarafga o'tish yo'lini tutdi ular. Bizga yerlashgan ruslar oyoqdan qochib keldi. Mana shunday sharoitda Sovet hukumati Sharqiy Turkistonda bir inqilobiy harakatning yuz berishi, Shingsesay Xitoy hokimiyatiga qarshi bir kurashning bo'lishini qo'llash deydigan bir qaror keldi. Endi Uyg'urlar Sharqiy Turkistonning o'zida qanday shu vaqtdagi o'lkada deyilganda, o'lkada 37-yildagi bu Abduniyoz Kamal qatorliqlarning qo'zg'aloni qalliq bostirilgandan keyin bu kurashlar tak 38-yilgacha partizanlik kurashlari davomlashdi nurg'un joylarda. 39-40 yillarda nurg'un odamlar tutilgan bo'lsa, lekin xalq ichida yana qarshiliklar mavjud edi. Shingsesay masalan 1940-yilda yana bir qadam tozalash edib borganda, ayni vaqtdagi sobiq Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining harbiy amaldorlari Mahmud Muhitiyning komandirlaridan bo'lgan bu keyingi vaqtda Shingsesay hukumati bilan birlashib o'lkada huquq tutgan Urumchida bu Qurbon Saidi, Qurbon Niyoz Shoidi,
Abdullah Efendi degендек mush adamlarni tutib, nurg'un Uyg'urlarni jazolaganda, ularga sotsialistik Uyg'uriston qurmoqchi bo'lgan degan jinoyatni otdi bularga. Sotsialistik Uyg'uriston Cumhuriyeti qurmoqchi bo'lgan degan jinoyatni. Uning jinoyat to'plagan materiallardan qaraganda, bundaq harakat Qashqa, Oqsu, Turpan qatorliq joylarda 40-yillarda davomlashgan ekan, maxfiy shaklda. Endi bu hujjatlarni ba'zi tarixchilar keyingi vaqtda Shinsayning o'ydirmasi deydi. Balkim o'ydirma bo'lishi mumkin, mutlaq ko'p qismi o'ydirim bo'lsa-mu, lekin biz buningdan nimani tushunamiz deganda, ana shu 40-41-yillardami Uyg'urlar orasida yana davlat qurish, jumhuriyat qurish. Mayli Uyg'uriston quramsan, sotsialistik jumhuriyat quramsan yoki boshqa jumhuriyat quramsan, bir davlat qurish ideyasi kurashning davomlashayotganligini ko'rsatib beradi. Bu 43-yilga kelgan chaqda Qashqa, Xotanda bilmadim, Qashqa, Oqsu, mushu joylarda maxfiy tashkilotlar qurildi. Ili, Toshqo'rg'on tog'larida, hatto Qashqa tog'larida 44-yilga kelgan chaqda bu tashkilotlar bag'ansir hammaga umumlashdi. Ilida qurildi ozodlik tashkiloti, Cho'chakda ozodlik uchun kurash tashkiloti, Oltaydim ozodlik uchun kurash tashkiloti degandek tashkilotlar orqa-orqadan qurilishga boshladi maxfiy. Bu endi şu vaqtida xalqning umumyuzlik holda şu vaqtdagi Shinsay Xitoy hokimiyatiga qarshi ikkinchi qatimliq bir kurashga otlanayotganligidan derak beradi. Anadan keyin 41-yilda bo'lsa tog'da 40-yildan boshlab Osman Batur qatorliqlarning boshlamchiligida qozoqlarning Ko'kto'qayda qo'zg'oloni boshlandi. Ularning qo'zg'oloni 6 oydan keyin tinchlantirilgan bo'lsa-mu, 41-yilda ikkinchi qatim yana davomlashdi. 43-yilda Osman Batur qatorliqlar tog' ichkari taraflarga qochgan bo'lsa-mu, 43ning oxirlarida yana qaytadan ular odam to'plab jallanishga boshladi. Demak, mana 43-44-yilga kelgan chaqda Osman Baturning qozoq qo'zg'olonchilari Ko'kto'qay, Chingil atroflarini egalladi. Ular Tashqi Mong'oliya bilan aloqalashdi. Tashqi Mong'oliya odam yevatdi. 44-yilning 4-oyida, 3-oyida Sovet hukumatining vositaçiligi bilan Tashqi Mong'oliya rahbari Choybalsan Osman Batur bilan kurashdi. Uning nurg'un qurol, o'q-dorilarni berdi. Bu inqilobga yordamlashdi. Mana mushundaq vaziyatda Sovet Rossiyasimi, Sovet hukumati Moskvada 43-yili 5-mayda maxfiy qaror qabul qilib, Xinjiangdagi, Sharqiy Turkistondagi mush millatlarning Uyg'ur, Qozoq, Mo'ng'ul va boshqalarning milliy ozodlik harakatiga yordam berish, ularni qo'llash, Shinsayni yiqitish deydigan maxfiy qaror qabul qilib, shu qaror bo'yicha o'zlari harakat boshladi. Bu harakatlar turli shaklda olib berildi. Maxsus Sharqiy Turkistondan qochib qolganlarni tarbiyalash, harbiy guruhlarni qurib, ularning bolalarini o'qitish, tashviqot varaqlarini tarqitish, tashkilotlarni qurish va undan boshqa bir qator. Men kitobimning 7-tomda mana shu narsalarni tafsili kirgizdim. Keyin kitob qo'linglarda bo'lsa, o'qisanglar menasi oydin bo'ladi. Demak, Sovet hukumatimi bunga harakatga o'tdi. Şunun 44-yilning boshlaridan boshlab Sovet hukumati shu har joylardagi Uyg'urlarning maxfiy tashkilotlari bilan aloqa o'rnatib, ularni qo'llash, ular bilan aloqalashish, hamkorlashish ishlariga kirishdi. Mana shu vaqtda 44-yilning 9-oylarda, 8-oylarda Nil qit'alarida G'ani Batur, Fatih Batur qatorliqlarning boshlamchiligida qo'zg'olon bo'ldi. Buningga Sovetlar oqida turib ba'zi qurollarni berdi. 44-yili 12-noyabrda, 7-noyabrda G'uljida ozodlik tashkilotining boshlamchiligida u yerda qo'zg'olon portlab, 12-noyabr kuni kelganda butun G'ulja ozod qilinib, Arambog', Langshang butxona va aerodromdan iborat 3 joydan boshqa hamma joylar qo'zg'olonchilarning qo'liga o'tdi. 44-yilningki oxiri 12-yilga kelgan chaqda bu Qo'rg'as noyisi, Suyding noyisi, Kura, anikin Chapjal, oyoqdagi Tekas, Kunas qatorliq ili viloyatidagi noylarning hammasi ozod qilinib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiningki territoriyasi bo'ldi. 45-yil 1-oyning 5-kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumat hay'atining 4-qatimliq qarori bo'yicha Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining mustaqillik xitobnomasini e'lon qildi. Ben kitabımın 7-tomda bunu tafsili kirgizdim. Burun qislar o'qigan ko'p aslimlarda
Seyfettin Aziz'nin əslimisi də və başqa əslimələrdə bulanı siyasi programma alğan. Bu siyasi proqram emas, müstəqillıq xitabnamesi bunun ismi. Onu atamay ular siyasi proqramında agentlərini özgərtib şəkildə ağançı başqalarımızı. Çünki şu hökumətinin şu hüccətinin üzünü, orijinal hüccətini oxub baxsam, onun da bu bizden müstəqillıq xitabnamemiz degan gap var ekan da ayədə. Onda deganlikən onu müstəqillıq xitabnamesi demək, yəni nima proqramı deyimiz. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Demek müstəqillıq xitabnamesi elan qildi. Bu müstəqillıq xitabnamesida Sharq Turkistonda abadiy bir müstəqil davlat qurish, armiya qurish, sanoatni taraqqiy qildirish, madaniyatni taraqqiy qildirish, hamma dinlar barobar bo'lish deydi haqi. Millatlar barobar bo'lish, islom dini bu yerlik asosiy din bo'lganligi uchun hurmat qilish degan gap bor. Ondan boshqa dinlar degani Sharqiy Turkistonda uchoqda ili bu joylarda nayt zo'r sonda ruslar bor. Ular hammasi xristian. Shundami? Sharq Turkiston inqilobida nayt muhim kuch ular partizanlik urushlarida qatnashdi, komandirlar bo'ldi. Anadan keyin u yerda yana Mo'ng'ullar bor. Shundami? Qalmoqlar deymiz. Ularmi aktiv qatnashdi. Anadan keyin Shivalar bor. Bizning ular nimaga e'tiqod qildilar? Tangri e'tiqodiga o'zining shaman. Demek İlhan Tören başlıq Sharq Turkiston İnqilobiy Cumhuriyet Hükümeti rahbarları özünün müstəqillıq xitabnamesi, dövlət proqramısını belgiləyəndə ana şey həmmə xalqlarının bərabərliyi, həmmə xalqlarını Xitaydan başqa millətlərinin həmmisini özünün Sharq Turkistonның ay yıldızlıq bayrağı astına toplab Xitay hakimiyyətinin qoşullarını qoğlab çıxılıb Sharq Turkiston dövlətini quruş üçün həmmisinin ittifaqdaşlığını əmələ aşırış üçün ana şunda qərarını qəbul qılған. Demisi o, bütün xalq uzun ötmey Moğoldan tatip Şivagiçe, G'o'ljidik Tungallargacha, ular o musulmon albatta, Ruslargacha hammasi Sharq Turkiston Cumhuriyetining askarlariga aylandi. Sharq Turkiston Cumhuriyetining o'zining davlati deb tanidi bular. Xitoy qo'shinlarini oxirida Manas daryosining u tarafigacha tang qo'g'lab chiqadi. U yolg'iz birli Uyg'urning ishi emas. Uningda 100 minglagan qozoqlar bor. Andan keyin yana ana shular bor. Komandirlarga kimning harbiy texnikasi ustun bo'lsa, burungi tajribalarni yakunlab, harbiy mahorat ustun bo'lsa, uning millatini ayirmay komandirlik qilishga saldi. Chunki harbiy maktabni bitirgan odam bilan bir harbiy savodi yo'q, partizan komandirining farqi bor. Shunga o'xshash bu Ilhan Törenlar nayt aqlona shu vaqtning sharoiti bo'yicha siyosat yurgizdi. Endi Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sharq Turkiston Cumhuriyeti bu o'zi 44-12 aydan noyabrda qurilganda o'zining uninki 10 necha ministerligi ta'sis qilingan. Moliya, o'xshashlamash, burunqiga o'xshash, adliya, sayya, harbiy va boshqa bir-birlab sanasaq mukammal bir cumhuriyet. Lekin Sharq Turkiston Cumhuriyeti asası qonun tuzishga ulgurmagan. Ular asas qonun tuzmay, jinoiy ishlar qonuni degandek 20 necha xil qonunlarni tuzib, 4-ayning 13-kuni imzo qo'yib bu qonunlarni qabul qilgan. Sharq Turkiston Cumhuriyeti yana davlat tili sifatida Uyg'ur tilini davlat tili, hukumat tili deb, Uyg'ur tilini hukumat tili deb e'lon qilgan. Onun için o'xshashlam 10-ayga kelganda 46-yili 45-yili Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni davlat bayrami deb 12-noyabr kunini davlat bayrami kuni qilib davlat hay'atining qarori bo'yicha qabul qilgan. Ya'ni 11-ayning 12-kuni bu Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni degani, ya'ni keyingi tashkilotlar boshqalar o'ylab chiqqan narsa emas. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumat hay'atiningki resmi qarori bo'yicha mush kunni davlat bunda bekitdi deb buyruq bo'yicha Ilhan Töre, Hakimbek Hoca, Abdurrahim Mahsun 3 odamning imzosi bilan e'lon qilingan hukumat buyrug'i bu. Shundan keyin Sharq Turkiston davlat kuni bayrami rasmiy shakllangan. 4-ayning 8-kuni Sharq Turkiston davlat armiyasining qurilgan kuni deb uni qarorlashtirgan. Sharq Turkiston Cumhuriyeti mana shu o'zining mavjud bo'lib turish tarixida mukammal davlatchilik sistemasini barpo qilgandan boshqa 10 necha xil gazetlarni, necha xil jurnallarni chiqargan, harbiy sistema jihatdan mukammal bir armiya sistemasini qurib chiqqan,
Ba'zi manbalarda 30 ming deyildi, ba'zi manbalarda 40 ming deyildi, hatta 60 ming degan sonliq ma'lumotlarmi bor. Shu vaqtdagi Markaziy Osiyo rayonidagi eng qudratli, nayt mukammal, nayt muntazamlashgan armiya Türk xalqlari ichida bir Turkiya Cumhuriyeti bor, ikkinchisi Sharq Turkiston Cumhuriyeti bor. Shu vaqtda. Endi albatta Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston Cumhuriyetlari bor. O Sovetlarning homiyligida bo'lg'achqa ular mustaqil davlatlar emas. Mustaqil bo'lmagan davlatning armiyasi olmaydi. Shundaymi? Sharq Turkiston Cumhuriyetining armiyasi bor. Muntazam armiya. Uning ustiga o vaqtida 2. Dunyo urush mezgilida yana bir davlat, Xitoy Cumhuriyetining davlat armiyasi, Xitoylar Gojun deydi. Gomindan armiyasi bilan jang qilib, o'zidan 4 askariy kuchni qo'g'lab, tarmar qilib, Manas daryosының A tarafiga qo'g'lab haydab etgan bir qo'shin 10 necha ming odam. Shu vaqtda 2. Dunyo urushi mezgildagi mundaq chiqqanda g'alaba qilgan armiyalarning birida bu urush qilib. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati mana shu vaqtda Gomindanning 100 mingga yetgan askariy kuchini tarmar qilish, uni yo'qotish uchun o'zining armiyasini qurib, qisqa 4-5 oy ichida askerlerini, dehqon yoshlarını, çarvıç Kazak ballarını çemiqtirib, harbiy mashq ko'rsatib, anakin bu askerlerinin muntazam kiyimlerini tayyorlab, qishliq, yozliq kiyimlerini, bu askerning yeydigan 3 vaqt tamog'ini berib, necha 10 ming odamning 30 ming. Anadan keyin uning qurol o'q to'g'rilarini ta'minlab, anadan keyin uning necha minglagan kadrlari va o'qituvchilari va yuzlagan maktablarni ochdi. Uyg'ur, Qozaq, Qirg'iz tillarida, o'zbek tillarida, rusmak. Shu kadrlarning maoshini berib, gazetlarning xizmatchilarining maoshini berib, hukumat apparatlarini ta'sis qilib, mush ishlarni qisqa vaqtning ichida qila oldi. Bu g'oyat zo'r bir ajoyib natija. Bu Uyg'urlarning qanday davlat boshqara oladiganligini ko'rsatib beradi. Bir yoqdan urush qilib, Xitoyning o'zidan necha qo'shinlarini tarmar qilib, qo'g'lab chiqarib, yana kelibdi. Ya onda çağda ya urush qilasan, yoki o'zingni taraqqiy qildirsan. Shundaymi? Bu hamma ishni tan qila olgan bir armiya, bir hukumat shu vaqtning o'zida. Endi shunchalik armiya, shunchalik davlat, ularning nishoni butun Sharqiy Turkistonni ozod qilamiz, bayrog'imizni shing-shing-sha qadaymiz dedi. 45-yil 6-oyda Sharqiy Turkiston armiyasi 3 front bo'yicha urush boshlaganda, Janub, Shimol, o'rta bu yo'nalish bo'yicha ularning nishoni qishqicha Urumchiga berib, Ürümçide olturumuz bayramını kütüp alımız degan. Şular. Ama o işler 45 yılının 9. ayı kelgende to'xtab qoldi. Ilham Törem şu vaqtda tunji qatim hukumat heyeti 10. ayda Ilham Töremge marshal verdi unvanını. O'zi berib olgan emas, hukumat heyeti berdi. Sharq Turkiston qo'shinlarining oliy bosh qo'mondoni degan nomni berdi marshal. U chog'i Turk dunyosida balki Mustafa Kemal Atatürk'ten qolsa 2. marshal Ilham Törem'di deyim, menimcha. Bor bo'lishi mumkin. Sizlar bilasizlar, uni yaxshi bilasizlar. Men 3-inchisi deydi, O'zbek Qozoqda marshal yo'q-ku deyim bu chaqda. Yo'q. Demak, shunchalik bir mukammallashgan bir vaziyat demdi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasi shu vaqtning o'zida nayt muntazam armiya bo'lishi bilan bir vaqtda nayt intizomchan, harbiy qonunlari bor, uning harbiy soti bor, harbiy taftishi bor. Harbiy sot bo'yicha askar buyruq bo'ysunmasi atidi. Töven darajali komandir, yuqori darajali komandirga bo'ysunmasi harbiy sot buyruq tushirib, o'limga hukm qiladi uni. Mundaq bir muntazam armiya. Shunga hech kim bosh-boshdoqlik qiladigan unda ish yo'q. Hamma askar shunga bizning ma'g'ulzidan chiqqanlar yaxshi biladi. Burungi cho'nglar milliy armiya desa ajoyib faxrlandi. Ularning qas-qas dastlab minishlardan tatib. Shundaymi aka? Hayvatlik bir armiya bo'la olgan ular. Endi şu vaqtdagi 20. asrdagi şu vaqtda dunyoning ilg'or zamonaviy armiya o'lchamlariga to'shqan. Armiya o'lchamlariga to'shqandan ular urush qilib dushmanni yengaligan bir armiyada yana kelib qoladi. Armiyalar emas. O'zining raqib. Shunda bo'lgan bir hokimiyat sistemasi bo'lgan. Lekin shundaq bir hokimiyat sistemasi, qudratli bir davlat bo'lgan sistemasi nim bo'ldi? Nimishga mag'lub bo'ldi, nimishga to'xtab qoldi. Shundami? Bu İlham Törem'nin işi mi? Ahmetcan Kasım'ın işi mi? Yeni birisinin işi mi? Bir adamın işi mi? İlham Törem halamam, Ahmetcan Kasım halamam. Her kanda Uygur balası halaydı.
müstakil oluştu. Doğru mu doğru mu? Şunu ölgende adamlar jangi çıkıp bika. O biga oturulup palançı hainti, palançı akçıdaydığa işimiz yok bizim. Devir, şarait, şu vaxtdaki vaziyat, sen itibaqdaş boğan güç, senin arkanda toğan güç, yeninde toğan güç, sana güç bilip göstergen güçünün menfaati üstüde sen toğallığın için, onun menfaati senin takdirini belgileydi. Sen belgilemeyse. O Uygurlar şu vaxtdaki vaziyatta yanılan biz acizdik. Şu vaxtın özüde. 45-ci 9-cı ayı kelgen çağda Sovet hökuməti Şərqi Türkistan inqilabını özünün şu proqramması boyunca başına ayaq qollab 45-ci ilinin 44-cü ilinin 12-ci ayının axırlarıgacha bəzilə xata aldı. 11-ci ayda Sovet məsləhətçiləri kelgen bu andamında deyil. Onda emas. 44-cü ilinin 10-cu ayının axır 12-ci ayının 26-27-ci günlərində Sovet İttifaqı özününki hərbi məsləhətçilər ümüyünü Olcuğa evetdi. Olcuğa evetib, Olcuda bula məxsus məsləhətçilər qrupusunu qurdu. Yəni şu vaxtdaki Beriya deyən adam, bunu mən göstərib qoyayım hazır. Mana mağlub. Beriya, mana Stalin. Bana müşik adam piçidenmişni. Müşik piçidu. Çünkü piçidiğanın en beşi de müşli olan dinkin, müşün ne deyimizde, şunda mı hüküm? Bu Beriya degeni şu vaxtdaki Sovet İttifaqının İçki İşler Xalq Komissarı. Bütün devlet bexatarlik, razvedka, içki başquruş, hemimiz komandallık şunun kolu da marşal. Şularının başlamışlığı da Şərqi Türkistan'a sizlərə yardım verimiz, sizlərin hər cəhətdən qollayımız, hər bir əskeri güc, qoral, həmmini biz verimiz də 5 kişilik bir vəkillər, hərbi vəkillər ümüqünü evetken. General, leytenant, birisi general mayor Langfang, yəni birisi Ignarov digərlər başlamışlıqda həmmisinin isimlərini bilimi. Bu adamlarını evetib bula, Olcuda məxsus tuğan bula. Birisi Özbekçini Sudak sözleydi, o General Langfang deyip Özbekistan'da tuğan. Uzun İlhan Töremlevli bir vasıta Özbek söz düşüdü günde. Ula Şərqi Türkistan Cumhuriyeti'ndeki Sovet hükümetinin ali hərbi siyasi məsləhətçiləri. Ula hər günlük hərbi siyasi məsələlərini, uruş əhvalını məsləhət qılıb. Sovet hükümetimiz şunun axırısından başlap bir kısım qorallarını, oq doğrularını Şərqi Türkistan hükümeti berişki başında. Onun aldığı bir kısım oq doğru qorallarını nemiligi almaşdırıb, atlağa, qoylar qıyğan bolsa mı, onun bilen uruş qıyğın olmaydı. O az da bəribir. Onun aldığı bir kısım qorallarını bədi, andın bir kısım məsləhətçi hərbi komandarlarını evetib, Şərqi Türkistan armiyasını qurup, burun partizanlardan muntizim armiya quruş jarayonida ularni məşq qildirish, çeniqtirish işləri şoğullandı. Uçaqdaki ularning bütün bayanatı bulağı bəgən, sizlərning mustaqilliğinizni qollaymiz, sizlərə yardım berimiz, Sovet hökuməti yardım berdi degan shu narsa başladı. Ular hammasi shularga ishongan. O vaqtning o'zida Şərqi Türkistan xalqining bu Xitoy qo'shinlarini qo'g'lab chiqarib, bu joyda mustaqil bir cumhuriyet, devlet, hakimiyet qurish uchun tayinlagan kuch izlash kerak. Shunami yordamchi kuch. Bu chaqda hech qanday bir yordamchi kuch yo'qdi. Ularga yordamchi kuch sifatida Sovet İttifaqı chiqdi o'tqaraga. Chiqqanligi uchun Şərqi Türkistan inqilobchilari buni tayandı. Men rahmetli Abdurrahim Mahsun İbrahim bilan Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin baş katip degan şu Mavni Reis'ten kasılı şu adamım. Ben o adam böyle 10 neç saatlap ötkazgan söhbetlerim var. Vay bu nimişke bu Rosun'un gibini anlap otladınlar desem. Bana digini o. Avazım var, ben halasam küllerini burada koyup verim avazım. O yüzdeydi. Vay oğlum biz bir kapakbaş adam emestok dedi. Moşe Xitaydan qutulsak, azat olsak, kimnin kolu kalsak kalayla azatlı olaylı degen deydi biz. Şuna biz ulan ne mi dese, onu verimiz, bunu verimiz, seni kollayman degendeyin ki askeri verivassa, komandır verivassa, akıdın zembireklerini evetip verivassa, uruşa amanı oldu. Komandırlar bilmeye askerlerimizge ügütüvassa deydi. Komandırlar kalıp, komandarlık verivassa, bu bizge degendeyin işelmeyin imkanımız deydi. Biz aşırı imam deyip şu imamga erişip oturaptık deydi. Bu bedbahtның bizni aldap, ahir mavzudunu tutup berdiğallığını nereden bilimizdi? Ma'u, mening gibim emas, şu adamning naq degan gapini da'vatini.
öz avazını koyup verimi gerek olsa. Abdurrahim Mahsum'un Esretlik diyen gitti. 91 işi diyen gep bu. Abdurrahim Mahsum İbrahim'in. Biz bilettik deydi. Keyin bula siyasi vaziyetke ergişip bula özgertdi. Naytısılıqdı deydi aldığımızda. Kündü vədə, yaxşı geplərini qıp durdu. İlhan Törəm kündü digide görüşüp durdu. Bəzide mən ikinci domuğu üzən birge baratdım deydi. Bəzi çağda mən bağmaydım İlhan Törəm. Öz sözlüştü. Ula özbekçi bilgendik deydi. Aşında attık, lekin bu 45. yılın 9. ayı kelgen çağda bıraklı yüzünü örüp aldı bizden. Şunlar Xitay'da söhbet ötküzsen dedi bizle. Biz yak dedik, nimişki ötküzümüz, Xitay'ını qoğla bassak, yoqula bassak dese, söhbet ötküzümüz sen bulmaydı bu Stalin'in buyruğu. Çünkü asıl dünyada uruş ahırlaştı. İkinci dünya uruş ahırlaştı. Bütün dünya bu iç vaziyet ahırlaştı. Yapılla teslim oldu. Hem de hazır dünyada tinçlik oruntildi, hem de dünyanın meselesini hal kılışının ikinci usulü var. Bu usulü tinçlik usulü bilen hal kılımızdı. Xitay'da söhbet ötküzse, söhbet arkalı Xitay'ın müstakillığını itiraf kıldırsanlı buludu. Uruş kılmaydı. Şunu biz çın tutuk, ahir biz talaş tartış kıldık, bölündük, neticeye, grupağa. En ahırda andın milli armiyimizni, Şarkı Türkistan armiyimizni uruş tok tutup koydu deydi. Uruş kılışka mağan maydalı keltirip koydu. Ahir terakki kılıp bütün bergen kurallarının, zemberek, minamiyotlarının hemmini jığıp ekepti deydi. Abdümatının kollarımızda. Askerlerimizin kolumuzda adetlik miltik kaldı deydi Xitay'ın olacağı. Oklumu yok deydi. Söhbet ötküzse dedi. Söhbet ötküz degeni o bizim elki sen bütünley tügüden emelsin. Endi kürüşanın yani bir ikinci taktikisini başla degen. Dep yani bizni aldı deydi bular. Biz boptu dedik, ahir amal yok. Şununla Xitay'da söhbet ötküzdük deydi. Biz söhbet ötküzüşünü xalıqan emas deydi. Əməliyyat o söhbet Stalin'in özünün söhbeti deydi bu. Şu ahırda anda vaziyet oldu deydi. Demek ki 45. yılı 9. ayı kelgende Sovet hükümeti, Stalin hükümeti 8. ayının 31. günü Beriya, Mao. Bu Beriya'nın özü, onda olan bunu mu Stalin ölgenlikken Khrushchev çıkıp bunu atkanda, bunu casus dep atkanda. Okşaşlar. Bularning özünü özü etip ötken ahirasını bulucu, teki dağında. Bu Beriya 8. ayının 31. günde Sovet məxfi arxivlərdə mən kögən arxivlər bu içə görüşümçə Stalin'e yollagan, siyasi buyruğu yollagan dokladıda hazır Şarkı Türkistan xalqı deydi. Şunçılık qalbilik uruş qılıvatıdı deydi. Hem niyada bular can qılıb Qashqa, Janub tarafı Taşqorg'on tağlardan çıkıp bu Oytağ, Qashqa'nın Yingsa, Muşiyaga chiqib bo'ldi. Şimalda bu Emmiyan oldu, Aksu, Bay, bu joylar geldi. Emmiya Ürümçigimi yıkıllaştı, Emmiya ütüvatıdı, bular şiddetli qalbi qılıvatıdı. Lekin deydi. Hazır emdi, bizden məxfi arxiv istihbarat uçurlarımızda igelleşimizce Xitay hükümeti Yapon bilen uruşunun ahırlaşışı bilen deydi. 200 legen ayrıplan, zor sandık askeri güçünü yötkep gelip bulağa karşı umum can başlaş oldu turbatı da o deydi. Eğer deydi, ula bilen umum can başlanıp kalsa deydi, biz deydi. Bula uruşta məğlup buluşu mümkün deydi bu qozalançılar. Uçağda mыңлаған musafirlar Sovet zeminiga ketishga to'g'ri keldi deydi, qochdi deydi. Bularning odamlarini uçaqda biz qanday qilamiz? Uçaqda biz o degani biz uçaq bunun hammani Sovet hukumati maxfiy qilayotgan ish. Sharq Turkistonni orqadan qo'ralib olgan, o'qib olgan bularning hammasini maxfiy qiladi. Dunyodan, Amerikadan, G'arbdan yo'shirdi. Xitoylar deydi, buni Sovetlar qilyotdi deydi. Sovetlar deydi, biz unda qilmadik, bu xalqning qo'zg'aloniga biz hech qanday yordam bermadik deb tenib olgan vaqtida u. Agar bunda bo'lsa, uçaqda bizning oldimizga to'g'ri. Uçaqda o'zimiz o'tirib chiqamdik, oshkora. Yoki qanday qilamiz degan bir buyruq keldi. 9. ayninki 14. günü kelgan chaqda mushu Beriya, andan Tashqi ishlar ministrligi Xinjiangdagi mushu masalalarni, to'qinishlarni qanday hal qilamiz? Bu ishni qanday qilamiz deganda maxsus bir loyiha tuzib chiqdi. Bu loyiha bo'yicha derhal biz 3 türlük loyiha bu qo'zg'olonchilarni urush qilishdan to'xtatish. Xitoy hukumati bilan bularni suhbat o'tkazgizish.
Sovet hökuməti o'ttirg'i chiqib, vositachi bo'lib ikki tarafni yarashtirish. Shuning bilan bu joyda tinchlik vaziyati shakllantirish degan bu qarorni oldi. Qaror bo'yicha 9-oyning 17-kunigacha buyruq bo'yicha butun Sharq Turkiston qurolli kuchlariga birdek buyruq berilsin, ular hech qanday qo'shini harbiy harakat qilishga bo'lmaydi dedi. U vaqtida Sharq Turkiston armiyasi Manas daryosi bo'yiga kelib, Manas daryosidan bir qatim o'tib, ayan egallab o'tib, buyruq bo'yicha daryoning matarafiga ikkinchi qatim qaytib kelgan vaqti. Ürümçi'nin 7-8 kilometr nerede Kazak partizanlarının okları etilişe başlayan vakti. Fukan Cibisar etrafıgıça kelgen vakti. Janubda qandati vaziyat desek, Janubda köpinchi tarixlarda Toshqo'rg'on inqilobi deb uni va kichikiltib tasvirlaydi. Undaq emas. 45-oyning 8-oyning 15-kunda Toshqo'rg'onda oldi bilan Sovet chegarasi ichidagi to'xtamish degan joyga to'plangan 200 dan ortiq qurolli partizan, uning ichida Uyg'ur va Tojik va Qirg'iz va hammasi bor. Sovetliklar bor. Bu hamda Sovet aqid to'g'an ish buningki. Bular birdek holda Toshqo'rg'on noyisi, uning yendagi Bulunko'l degandek daftar degan yeri bor. 4-5 punktdagi Xitoy qo'shinlari joylashgan yerga tangli hujumga o'tib, bir kunning ichida bu joylarning hammasini ozod qildi bular. Ozod qilgandan keyin 8-oyning 17-kunda Toshqo'rg'onda vali mahkamasi qurildi. Vali mahkamasi qurganda ular Sharq Turkiston Jumhuriyatining Toshqo'rg'on vali mahkamasi. Juma u. G'o'ljidagi hukumatning ayadagi vali mahkamasi. Qilib Abdukarimxon Maqsumni faxriy valilikqa tayinlaydi. Tojiklardan Karvansha va undan keyin Aqyo'lbek deganlarni G'oji keldi, Qirg'izlardan bir qismlarni ma'vullikqa belgilaydi. Undan keyin bu qurolli kuch tasdiqlandi. Bular shiddatli jang qilib, tez orada u yerdagi Chilgumbaz degan joylarni elib, Chilgumbazda qo'mondonlik shtabi qurib, ondan yerlik xalqlardan qo'shin elish ko'paytirish bilan birlikda bular anikin ularmi bu harakatchilar o'xshashmi shimoldagi o'xshash 3 yo'nalish bo'yicha jang o'tadi. Bularning maqsadi Qashqa bilan Yakanni ozod qilish. 200 kishilik bir qo'shin shimolga yurish qilib, Bulunko'l bilan O'ytaq orqali aylanib Toshmiliq bilan Qashqaga yetib kelish. Bir qo'shin Aqbash Mazar degan yerlardan o'tib, Yangisoning Sugat degan yerini elib, Sugat orqali Yangiso'ni elish, Yangiso'dan To'piga yurish qilib, ondan Qashqani qo'shab elish. Bu bir atarat bir qo'shin Qo'shrab degan yerlar orqali Qog'iliqdan o'tib, Kochonli bilan Yakanga berish. Bular 3 yo'nalish bo'yicha jang qilib, bular haqiqatan Yangiso atroflariga Sugat degan joylargacha bir guruh qo'shin Qashqaning Toshmiliq, O'ytaq, To'qqizoqlargacha egallab bo'ldi. Aqsuğu Sopaxon va Qasimjon Qambari, Abdukarim Abbosovlar boshchiligida qo'shinlar Aqsuğu tushib Bay, ondan keyin Aqsuv shahri atrofi hammani egallab bo'ldi bular. Faqat Aqsuv shahrini qurshab qilib oldi. Kuchaning Qizil degan yerda ular mudofaa liniyasi qurib oyoqdan kelgan Xitoylarni to'sdi. 45-yilning 11-oylariga kelgan chog'da janubda Yakan shahri, ondan keyin Qashqa shahri ichi, Aqsuv shahri ichidan boshqa joylar, dehqonchilik, yezigilik, tog'liq rayonlar umumyuzlik holda qo'zg'olonchilarning qo'liga o'tib bo'ldi desak bo'ladi. Kelmagan bo'lsa-mu, Xitoy qo'shinlari janubda unchalik ko'p emas, ojiz holga tushgan. Qarshi atrofiga tushgan qo'shinlar hatto To'qsunning Yilonliq degan yerlargacha yetib keldi. Qarshining atrofiga keldi qo'shinlar. Kuchaning Talamat davollaridan hujumga o'tdi. Janubda demak, mushundaq aylanib Tarim vodisining janubidagi mush rayonlar Qog'iliq atrofiga keldi. Mana mushunda vaziyat shakllanganda Sovet hukumatining ana shu buyrug'i bo'yicha oxiri 9-oyning 16-kuni Ilhon To'ran va Ahmadjon Qosimiy qatorliqlardan xabarsiz qoldirilgan holda Nanjing hukumatiga o'zi ultimatum topshirib, o'ljidagi qo'zg'olonchilar vakillari urush qilishni xohlamaydi, Gomindan hukumatiga suhbat o'tkazishni sizlar bilan xohlaydi. Ular bizga shunday dedi, biz Sovet hukumati xohlasanglar o'tirdi turib beramiz degan bir ultimatum keldi deb, shuning bilan g'ulji qo'shinlarini to'xtatib, ikki taraf orasida suhbat o'tkazishga qistash orqali oxirida 45-yilning 10-oyiga kelgan chog'da Sharq Turkiston hukumati oxiri suhbat o'tkazishga ma'qul bo'lib, 101-nomerli qaror deydi.
10 ayının 3 günü. Şu karar boyunca söhbət arqılıq Şərqi Türkistanның müstəqilliyini itiraf qılğızış degan maddə var qarar boyunca. Şuna başda İlhan Törəm özü barmaqçı olğan söhbətə. Ki məlum səbəblər tüpəyildən özü qəb qılıb özünün onuğa Rəhimcan Sabiracını söhbət ümügünün başlığı ondan Əhmədcan Qasimiyev bilan Qazaxlardan Obul Xayır Törəni söhbət vəkilləri qılıb 3 kişini ondan Ürümçiga söhbət deyildi. Şunun bilan Milli Armiyanın cənubdakı, şimaldakı, Taşqorğan, Oytaq, Muş liniyadakı uruşlar həmmisi birdək toxtutub. Aqsu'dakini, Aqsu'nu taşlab şimalga çekiniş buyruq gəldi. Şunun bilan uruş səpləri mana şunda toxtudu. Onunğa qanchalik hərəkət qismi mümkün bolmadı. Hətta İlhan Törəm bu buyruq bəgən bolsunmu, İlhan Törəmnin buyruğunu axmadı. Əmdi bəzilər deydi mənə cıq degan. Onun gibini anlamay, urrat olab monastariyasını ütəb getdiyi bəməy uladı. Undaq əməsdi. Demiş deyəndə o deyən muntizm ütəb gedilğay iş olsa İlhan Törəm üzünü monasqa berib üzü marşal olğan diken. Şunda mı? Şərq Türkistan armiyasının ali başkomandanı olğan əskərini toplu. Urallısı bolmadı mı? İlhan Törəm mi qılanmadı da o işini? Şu qılanmağandaki səbəb var deməklik bir yer. Onun səbəb ne? Demək ki, 45-ciler Sovetlerinin Stalin'in şu vaxtdaki belgilegen programması boyunca, şu siyasi programması boyunca, o vaxtda da Sovetler hatta Azerbaycan demiş oxşaş işini qıyğan. Azerbaycan'da Cənubi Azerbaycan Cumhuriyetini qurup çıqqan, əskeri güç verib İran hökumətinə qarşı yardım verib, ulanın oxşaş vaxtda uruş toxtutub qoyğan. Oxşaş vaxtda İran hökuməti bilan söhbət ötküzüşkə hərəkətləndirgan. Bizim oxşaş vaxtda Olcu hökuməti bilan ikisini söhbət ötküzüş qıstırgan. Bu şu vaxtdaki Stalin'in 2. Dünya uruşundan keyinki dünyanın tərtibini oruntuş, yeni tərtib belgələş jarayonidagi bir siyasi oyun deyib bu, Qərbdə qabul qilish üçün. Şunun bilan biz axırı bununğa qoysunuşqa bizim o adamlarımız məcbur oldu. Şərq Türkistan armiyasının şu vaxtının özüdə 30'ının degan armiyanınki Ali Başkomandanı keyin 10. ayda Hərbi İşlər Komiteti qurulub, İlhan Törəm reis, Hərbi İşlər Komitetinin reisi marşal bolğan bolsun. Lekin armiyanın başkomandanı şu Şərq Türkistan hökuməti özü təşkil qurup çıqqan İvan Palinov degan Çarusiya armiyasının sabiq Çarusiya armiyasının ofisiydi, general-mayor. Onun mavini general İsaqbek Mununovdu. Yana bir mavini general Deliqan Suburbayevdi. Qazaq, bu ağı Qırğız. Onundan keyin bolsa yana bu Şərq Türkistan armiyasının üzəngli bilisizlər ən yaxşı qorallar şu vaxtda ilğar qorallar bolğan. Hər xil ordenlar, medallarını təsis qilgan Azadlıq ordeni, Cumhuriyet ordeni, İstiqlaliyet ordeni deyimiz. İstiqlaliyet degan müstəqillik, birinci, İstiqlal ikinci degandek. Mana Şərq Türkistan armiyasının baş komandanlıq ştabı, onun da mana İsaqbek oturdu, yeni Abdurrahimcan Hasanov degandek. Şundaq polkovniklar, polk komandirləri, şundaq sistemlik bolğan. Bu armiyanınki tek-tek nağanda naiti muntizim armiya bolğanlığı üçün onun da başkomandanlığının tərkibində onun keyin hər qaysı uruş qilish operativ bölümlər, ondan yəni hər qaysı tarmaq qoşunlar komandallıq qilish, məsələn, Şərq Türkistan Cumhuriyetinin qoşunu ən köpəygəndə 17 polk yetken, 17 polk. 17 polkның hər birisininki polklarda polk komandirləri oldu. Polk degan piyada polklarda 2000'dan 2500'gacha askar ofitser, atlıqlarda 1200'dan 1500'gacha. Bununki komandirləri, bir komandiri, onunki yana bir mühim iş, şu vaxtda Şərq Türkistan Cumhuriyeti hökumətində armiyasında hərbi muftuluq tüzümü ornatılğan. Hərbi mufti, hər bir polkninki mavun polk komandirdə dərəcəlik bir imam bolğan. İmam bütün qoşunun hərbi dini rəhbəri. Ondan oxşaşla onun da siyasi komissar bolğan. Siyasi komissar əskerlərini yığıb dövlət siyasəti, xalqara siyasət o budun tərbiyə verirdi. İmam cəngdə özgərlərinki şehitlərinin namazını düşürdü. Onun için dini rəhbərlik qıldı. Namaz oxuş və başqaları dini tərbiyə verişə yetəkçilik qıldı. Onun için polklarda birdən imam bolğan, rotalarda imam bolmağan. Bularning hammasının vəzifəsi var. Demək bir polkda polk komandiri, mavun polk komandiri, ştab başlığı, onun
dini, ma'lum polik komandir dərəcəlik imam, siyasi komissar qatarlıqlarının birləşmə şəkildəki başquruş usulu olğan. Onun aslında polik oldu. Bir polikda 3 batalyon buludu. Bir batalyon tərkibində 3 ya 4 rota oldu 100 kişilikdə. Rota həm hərbi atalıqlar Rusça, həm də şu vaxtdakı xalqara atalıqlar var. Biz şu tigi etməğən. Boğan muntazam bir armiya sistemisi boğaşqa buyruq yuqoridan kelgandan polik komandiri uni o'rinlaydi. Onun buyruğunu batalyon komandiri batalyonninkini 100 kişilik ya da 100'lik. Rota o'rinlaydi, rotanınkini 40 kişilik asker komandiri. O o'rinlaydi, uninkini bu, buninkini o, hamma narsa harbiy buyruq sistem bo'yicha mangadi. Bu buyruqlarni rasmiy qog'oz shaklida ivatadi. Kim bo'ysunmasa harbiy sot bo'ladi. Harbiy sotning boshlig'i G'ani Baturni tayinlagan. Harbiy taftish boshlig'i polkovnik Abdug'ofur Sabirajini tayinlagan. Bular boshqurdi. Ayndaq bir muntazam armiya bo'lgan. Ham shunday bo'lganligi uchun 45-yilninki bu 9-oyda urush to'xtatish buyrug'i tushganda, gerçi komandirlar hammasida norozilik bo'lsin, qattiq qarshilik bo'lgan bo'lsin, lekin hatto Asad Tayyipov degan bir odam, shu zambirakchilar qismining komandiri bo'lgan odam, men bu kishi bilan 7-8 soat suhbat o'tkazgan. Shu deydi, bizda amal bo'lmadi deydi. Mening qo'limda 5-6 tanki bor deydi. Shundan mening bir komandirim bir tank haydaydigan, o'zi ash tankini haydab, men bo'ldi hujumga o'taman deb manganda, uni to'xtatib harbiy sot bo'yicha yuqorida g'ulji sot, uni sot bo'yicha otgan deydilar. Chunki bu harbiy buyruqni ijro qilma deydigan. Buyruqni buz deydi. Armiya degan shunday bo'ladi ham dedi, sistemimiz bo'yicha. Shunga hammamiz shu amalsiz qoldik dedi. Buning da harbiy buyruq bo'yicha biz harbiy bo'lgan ekan, qoida shu. Shuning bilan biz to'xtadik, keyin vaziyatning taraqqiyotini kutdik. Eng oxirida birlashma hukumat qurildi. Oxirida Amerikan vaqtlar so'zildi, Urumchiga hujum qilamiz degan umidni 5 yil yashadik, lekin bo'lmadi. Angacha vaziyatlar o'zgardi deydi. Shu. Demak 45-yil 10-oyda suhbatlar boshlanib, 46-yil 6-oyning 6-kunigacha qayt suhbatlar boshlanib, 30 qatimdan ortiq suhbat, kichik suhbatlar davomlashib, eng oxirida 11 modellik bitim tuzildi, uning qo'shimcha modellik bitimlar tuzildi. Buning hammasining orqasida, butun bitim modelning hammasida shu Sovet hukumati orqasida turadi. Urumchidagi Sovetning bosh konsul Yevseyev, G'uljidagi 2-domdagi general mush ahvollarning hammasi turadi. Eng oxirida birlashma hukumat qurildi, lekin Sharqiy Turkiston Jumhuriyati birlashma hukumat qurilgan bo'lsa-mu, Ahmadjon Qosimiy Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga vakolatdan 4 kishi berib Urumchidagi hukumatni birlashma hukumat o'chadi. Ayrim hukumat emas. Ikki tarafning birlashishi asosida qurilgan hukumat. Bu Ahmadjon Qosimiy bu degan qo'shma hukumat deydi. Sening bir odamning hukumati emas deydi. Bizning ovozimiz bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Shuningdek bular jiq talash tortish qilib 47 46 siyosiy kurash bosqichini boshdan kechirib, oxiri ular o'xshashda bu hukumat buzilib, hukumatni tashlab, G'ulji qaytib ketib, davomli monastiriyasida tirkishib turdi ikki taraf 49-yilgacha. Bu jarayonda endi nima deymiz? Sovet hukumati undan keyin Sharqiy Turkistonga hech qanday qurol, askariy kuch, harbiy kuch, o'q, dora bu yordam bermadi. Shundan keyin to'xtatdi. Berganning hammani akatdi. Bular shu o'zining qurollari bilan oxiri 15 ming kishilik askar, ba'zi 20 mingga yetdi, shu monastiriyasi tarafga turdi. Bu joyda o'xshashlar mustaqil holda Urumchiga bo'ysunmadi. Yana o'xshash Sharqiy Turkiston hukumati bular yeshil bayroq lapildaglik o'xshash monastiriyasining bu tarafiga bir dona Xitoy askari o'tolmaydi. İki taraf askerler chegara fasili var, hatta tamojna var, tamojna deymiz. Mal savdosi qildi ikki taraf, chegaradan o'tib, o'tgan malni tekshirib o'tkazdi. Xolisi o'tkazmaydi. Nurg'on ayda vaqali bo'lgan. Xitoyning Nanjing hukumati istixborot uchurlarida deydi, bu G'ulji hukumati biz bilan bitim tuzgan bo'lsin, burun holatning hech nimasini o'zgartmadi deydi. Bular shu bitim turib oldi, o'zgartirdi, biz o'zgartirmadik. Bular yana mustaqil davlat altı turvatı da hep şikayet kılır can kayışıgıcı. Bula ta 49'ı tutdu, bula ameliyatta iqtisadi cihetten uruş kılmagan bolsunmu, medeniyet cihetten, mağrib cihetten güllünüp 49. yılı kelgen çağda bu G'ulji Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti mevcut bo'lgan 3 vilayetinin iqtisadi turmuş şaraiti Sharqiy Turkistonning 7 vilayeti qaraganda en yüksek bir çoğuğa yetti. Statistika ma'lumoti var. Şu vaqtida bir statistikada 3 vilayet Xitoy hükümranlığı təvəssüd Gomindan hükümranlığı 7 vilayet.
Bu yanın nerede olsa Gomindağ'ın bayrağı var. Manas Deryası'nın matarpığı varsanız yeşil bayrak var. Ay yıldızlık yeşil bayrak. Bu cayda deydi o kiyim kiçek hatta. Ben cık aş tarihi adamlardan sordum. Hatta mayada rahmetlik Salih Hacım ötken aynı vaxtıda. Yatqa yeri cennetin bolsun. Salih Hacım kamdımı sorgan. 47-ci il mən Gulcuq bağantım deyim. Gulcuq o sodiyağı o adam. Şuna mı o şu çağdaki sodi sansifrının hemimiz kallısıdır batı. Hançıqlıq sattın bir rahım deyim. Tepegen Gulcuğu verip heyran kalan deydi. Gulcu'daki molla deydi. Ürümçidikinden neticesi ezan kentuk deydi de adamla bayağı yaşattıken Tepegen. Kim başka tarihi materyallar qarğanında mesela şu vaxtda Gulcu'da Şarkı Türkistan Cumhuriyet Tevesi'lik bir okutuşunun bir aylık maaşı keng kuşadı turmuşuğa gididiken 5 balasını bekip ama Ürümçideki bir okutuşunun maaşıga aram bir tağa 12 ildiken şu vaxtın özüde. Ben Munir Yerizin deydiğen bir Tatar adam batı. O aldığın 3 yılını aldı, 2 yılını aldı, ülep gitti. Şu vaxtda Şarkı Türkistan, İnqilabi Şarkı Türkistan gazetinin muhbiri. Muhbiri de o kişi. Ben şunu sordum, bu Gulcu'da kandarakta turmuşunla desem, Voyfkan bu Ürümçi'de yaşadım, anayken Gulcu'ya gittim, asman izmin farkını ettik. Bizge belgen maaşla deydi hükümetin. Yani bir şairinin 5 balısı vardı, keng kuşadı gitti. Adamla en yaxşı kiyimlerini giyetti deydi Gulcu'da. En çıkan kiyimlerini, modi kiyimlerini giyip jüretti. Ayallah deydi o çak kılıp da, bazat birbiriyle kiyim talışıp musabık kılattı deydi. Şunda yaxşı turmuş şaraitini yaratalığın. O demek bu ne? Devletin, hakimiyetinin kanda başkuralığını köstüdü. Halkını aç koymayın. Şunda mı? Bir yaktan askerini başkurup, bir yaktan neçe 10 min askerinin tamıqını verip, kiyibini verip, yana bir yaktan andın, mektep, neçe 100 min bala mektepte okuydu. Mektep haksız. Ali mektep, üniversitetkiçe haksız okuydu. Bütün davalını haksız. Kesanlı bikalıq köstüdü. Doğrunu pul qaldıkən, səyyə doktorları ilə sözləşkəndim şu vaxt dedi ki, şundaq bir vəziyyət. Həmmiyədə bir tözülüsü qaynam taşqınlıq, şundaq bir mədəniyyət, həmmi cəhətin güllən, şu dövlətlə aşıla başquralığa. Uyğur, Tatar, Özbək, Qazaq, Qırğız, həmmisi birləşib, Roslumba onun üçün şunçilik güzel bir dövlət şəraitini yaratalığa aşıla. Əfsus, 49 yıllık dünya vəziyyətinin özgürüşü, 45-ci İkinci Dünya Uğruşunun vəziyyətinin özgürüşüdən keyinki dünyanın yeni siyasi tərəflərinin özgürüşü, tərtiblərinin özgürüşü, Şarkı Türkistan inqilabının təqdiri təsir göstərən bolsa, 46-cı ildən keyinki Sovet-Xitay münasibətlərinin özgürüşü, Sovet İttifaqı, Amerika, Angliya bu dövlətlərinin münasibətlərinin uğruşdan keyinki özgürüşü, Amerikan Xitay'daki içki uğruşlar 49 yılı gelgence dünyada bu soğuk uğruşlarının evcige çıkışı Amerika, bu Angliya, bu devletlerde Sovet İttifakı'nın bu Berlin temi Marshall planı deyimiz bunun okşaş nurgun mesele. Ondan ahırı NATO'nun kuruluşu bunun okşaş nurgun şu vaxtdaki tokunuşlar jarayanda Şarkı Türkistan'dan ibaret bu cayının müstakil bombaslығы Xitay komünistleri bu cayını beriydi, şulanın işgal kılışı, şulanın kontrol kılışı yol koyup beriş deyilgen karar ahır Stalin tərbidən en ahırı 49 yılının 1. ayları kegen çıktı. 1949 yılı 1. ayının 30. günde Sovet İttifakı Bolşevikler Partiyası Merkezi Komitetinin vekili, Stalin'in vekili Anastas Mikoyan Şibeypo degeye kelip Xitay Komünistler Partiyası Merkezi Komitetinin reisi Mao Zedong ve başkalarıyla görüşüp Sovet İttifakı'nın pozisyasını resmi bildirdi. Sovet İttifakı dedi, senin devlet kuruşun, hakimiyet kuruşun, kelgüsü Xitay'ın bütün hakimiyetini kol gelişini kollayımız diyen Stalin'in pozisyasını yeni bir katın bildirdi. Şu vakitte 2. ayının 4. 5. gündeki sohbetlerde Mongoliya, Şinjan deydi kitaplarda ve şu bu içtivatımı meseleler hakkında muhakeme kılındı. Muhakemeler boyunca Mikoyan Stalin'in Sovetlerinin pozisyasını Mao Zedong'a tuncu katın bildirdi. Deydi ki bizden Şinjan'dan Cumhur'un işganda zimin tamayimiz yok deydi. Bu senin yerin buludu dedi. Ama sen müstakillik vermedin. Bunlar herkes müstakillik verip kalma bir yerde kalıkları değil. Autonomiye versen buldu. Oy. Şuna okşaş. Şunadan keyin bu kim o
Şu Mikoyan'ın özünün arxiv hatırısı deydi bu gapni. Mikoyan. Muşla desem, mavzudun külüp ketdi deydi. Çırayıdın külkü jügüdü deydi. Özünün arxiv gapni davatını. Memnun boldu deydi. Andın mavzudun ahırısında andın. Biz milli meseleni hal qilishda Sovetlar ittifoqining yo'lini qo'llanamiz, sizlarning yo'linglarni tutamiz dedi deydi. O gapdan Stalin qo'shib ketdi. Bu gap nima degancha Sovet ittifoqi o'xshash ittifoqdosh jumuriyat, shunaqami? O'zbekistonga o'xshash xalqlar beraman degan gapda u. Bu ochiq. Ondan 49-yil 5-oy kelgan chaqda Stalin hukumati Mauga yana bir qatam telegram berib, Şinjanni tez ishg'ol qilinglar dedi. 49-6-ayning 27-kuni Mao Zedong bu Beijingni egallab bo'lgandan keyin Liu Shaoqi boshchiligidagi vakillar o'migini tunji qatam yana nimaga evatdi? Moskvaga evatdi. Bu Moskvaga evatgan vakillar o'migi bular Moskvada Stalin bilan ko'rishdi. Stalin bilan ko'rish jarayonida Stalin yana bir qatim sizlar Şinjanni tez ishg'ol qilinglar. Şinjanni tez ishg'ol qilinglar. Ishg'ol qilmasanglar bo'lmaydi. Bu joyda İngilizlar va boshqalar mustaqillik harakatlarini qo'zg'ab, bu joyda harakat paydo qilsa, davlat qo'rqasi kelgusida sizlarning bu joyni egallashinglar tutlagan bo'ldi deydi. Cho'ng masala chiqdi. Shu qancha tez bo'lsa shuncha ishg'ol qilinglar. U chaqda Mao Zedongning Şinjan'a, Şarkı Türkistan'a asker kirgizish, u yerda ishg'ol qilish xiyoli yo'q. Nima degan chaqda u texi u ma Gansu'ga yetib kelmagan u vaqtning o'zida. Nemisha bu yoqlarni texi azroq qismini olgan Gansu'ga kelmagan Shanxayga. Shuning bilan deydi Stalinning biz butun askariy kuchlarni to'shib berishga aeroplanlarni evatimiz deydi. Agar Mabufang'ninki atlı qo'shinlari to'sqinlik qilsa, uning qo'shinlarini tarmar qilishga bir aviatsiya polkini evatimiz deydi. Avia polklari osmondan bombardiman qilib 40 atlı qo'shinni birdamda tarmar qiladi deb ishondir. Qancha tez bo'lsa ishg'ol. Hatto Liu Shaoqi Jungo Kommunistlar partiyasi Jungo Xalq Jamhuriyati degan davlatni 10-oyning 1-kuni e'lon qilish plani yo'q deb vaqtida. Uni bu davlatni tez qur deydi, dunyoga tez e'lon qil deydi. Hammani biz qo'llaymiz. Shuning ilhomi bilan oxirida Dengli için başlık Xitay komünistlerinin vekillerini Gulcu'ya evatib, Gulcu'daki Şarkı Türkistan hükümeti, İnqilab hükümeti rəhbəri Ahmetcan Qasım İssaqbek qatarlıqlarla görüştürüp, bularını Beijing'de içildiğin siyasi məsləhət kengişiga, yani komünist Xitayının dövlət quruşçılığına, qatnışışqa, təklif qilishqa Dengli için uyuşturdu. Bunu Sovet hükümeti özünün kararı, Sovetlerinin kararı bu. Bu karar boyunca Dengli için 8-ayının 14-günde, 15-günde Gulcu'ya kelip, o nimedin Moskva'dan poyezd oturab, Sovet maşinisi de, o Sovet konsulxanasının Gulcu'daki maşinisi oturup, Gulcu'ya kelip məxbi alda, ama degen u yerda turib, özünün radyo aparatını kurup, ayaqdan Moskva, ayaqdan nem bilen söz düşürdü. Beijing bilen alaq turdu. Bu vaqtning o'zida Ahmetcan Qasimi ile bu ishdan xabari yo'q asli. Kelgandan keyin uning xabar yetkazilgandan keyin Ahmetcan Qasimi Issiqbeklar Dengli uchun Guljuga kelib faqat 3 kundan keyin 45-yili, 49-yili, 8-ayning 15-kuni kechida kelgan bo'lsa, Ahmetcan Qasimi qatorliqlar 8-ayning 17-kuni kechida Dengli uchun bilan ko'rishib suhbatlashadi. Bu 3 kungacha demak ko'rishmaydi aning bilan Xitoy vakili bilan. Bu yerda nima ish ko'rishmadi? Angacha bu Dengli uchun Beijingga telegramma berib deydi Moskva. Men bu yerga keldim. Kelgan bilan hech qanday bu yerdagi yerlik bu xalqning rahbarlari meni bilan ko'rishmadi. Men hozir ko'rishmadim deb AQQni 2 qatim telegram berdi. Ammo 17-yilda Sovetning bosh konsuli Ahmetcan Qasimi Issiqbeklarni elib Dengli uchun bir o'zi o'tirdi turib ko'rishtirdi. Onundan keyin ikki taraf arasida anda so'zlashdi, manda bo'ldi, u bu deydigan hikoyalar bor, u ayrim narsa. Ondan 8-ayning 20-kunda Ahmetcan Qasimi qatorliqlar 22-kunda nimadan yig'inga bordi degan nom bu deydi. O'lim lekin maxfiy hamma narsa Olmutaga berib, Olmutada turib, u yerda 2 kundan keyin Moskvaga uchgan mish
Andın ular 25 числоda aeroplan hadisede öldüydü. Hazırgıça Xitay materiallarının hemmesi de hazırgıça Ahmetcan Qasimi qatarlıqlar 8. ayının 27. günü Baykal Kölü'de buydu ülep ketdi aeroplan hadisede değildi. Qanda ülep ketdi, nim boldu, qanda öldü bu aeroplan, qanda uçup ketdi, hiç nimi yok. Şuna ama bir hücceti hazır. Bu vakanın hücceti ola, arkandan niminin qağızı deydi. Əməliyyatda ben məxfi Sovetinin bazı arxiv uçurlarını tekşürüp görsem, bundaq bir aeroplan hadis 8. ayının 27. günü bulmaqdır. Düşkə yeğenim köstüp koygan aeroplan düşkən. 8. ayının 25. günü ayında bir aeroplan bu şu Rusiyanın Baykal Kölü, eğer üçəsinin çorak köstüp verir. Çırağını. Ha, bu mana bir şey Baykal Kölü mü bu? Buna aeroplan mıyındaki bir şey düşkənken Xabar Davan degen cay. Bu cay Rusiyanın Buyrak Abdunum Cumhuriyeti caylaşkan cay bu cay. Aeroplan başına kelip bir şey düşkənmiş. Bu bazı bir materyallarda ben köğünümce bu aeroplan düşkən yemi. Onçik igizim emesken deniz yüzünün bir 1000 metreye yetmeydiğen bir ormanlık ekan. Bu qanday ola bu aeroplan u yerga tushib ketdi, taq soquldi dey, soquldigan tağım yo'q bu yerda. Maaş tağının müşahidədə mən Moskvada oxuş jarayonida mush kölünün buyida 6 qatam manganda. Tefsirlik. Ha, shunda. Moskvadan Ürümçi qaytish jarayonida şu Beijing Arg'u temir yo'l mushundan o'tdi emasmi? Endi Baykal Kölüni bo'ylab shu vaqtda shu taq qarab savol qo'ygan kallamda. Endi demek ki aeroplan aşağıda düştü deyen gepler çıkarılıq hazır. Qanda düştü, nima uçup ketdi bilmeydi. Hatta bir Rus tarixçisi şunda yazıdı. Bu aeroplan düşüldü deydi. Bu aeroplan uçup ketdi mi, düşürüldü mü hiç qandaq bir fakt yok, hiç kim köz tüpəgin yok. Hiç kim bilmeydi. Bazı bir uçurlarda bu aeroplanın içinde 15 adam baken deydi, bazı 17 adam batı deydi. Ayında türlük mesele var, bu eniq emas. Saybidin Aziz Üzeyin əslimisi de deydi ki, meni 9. ayının 3. günü deydi o adam. 49. yılı. Tuyuqsuz aldımdık telefon cırınlap ketdi. Şunu Sovet konsulxanasına basam, baş konsulla oturdu, turupdu. Burun deyen nait külük çaqçaqlağı kütetdi, nait çıroy salgın aletde. Olamı bir telegramını bәді oxusam, müşündaq Ahmetcan Qasım qatarlıq 17 kişi qurban boldu. Aeroplanda degen gepken ben çuçup kettim berip, dыңlı içingi berip, ahvalını dedim deydi. Dыңlı içingi çuçup ketdi, şuna olan merkezge yolda dedi. Əməliyyatda o tarihi hüccət materyallar qarasam, kimden burun? Seyfedin'den burun dыңlı için hukuk diken bu işini. Ona Seyfedin Aziz deydiken ben hukuk yetküzdüm deydi. Bu yerde bu işlerinin hemmesi acayip. 9. ayının 2. gün dыңlı için bilen bu Seyfedin Aziz Ahmetcan Qasimi'nin aeroplan hadisi boldu deyen gepini ufkan vaxtıda allı burun Stalin Mao Zedong'a telegramı yollap Stalin'in telegramısı var. Ben kitabımın bana 11. tomada bunu tepsili bana kirgizdim bu. Stalin Mao İttifakı Ahmetcan'ın ölümünden keyinki çoğun işgaliyet. 49. yıllık Xitay Komünist Armiyasının Şarkı Türkistan kiriş işgaliyet cereyan vakalarının hemisi Ahmetcan Qasimi vakası ve başkaları hemimiz müşünün içinde bu 700 netçibetlik kitap. Müşünün tepsili bayan kılınan telegramısı var. Stalin Mao Zedong'a telegramı berdi. Telegramısına uçakta Stalin mi demeydi Filip diyen tahallusunu kullandı. Yoşurun. Şinjan Demokratiya birinin vekiller ümegi müşündak aeroplan hadisiga uçurdu deydi. Uçurdu. Ulanın onuğa yeni vekiller bardı diyen gep vardı. Bu yerde o Seyfedin Aziz'i əslimisi deydi. Berip dыңlı için dedim sözleştik, ahir biz yeni vekil ivetediğen bulduk, yeni vekilgi talladık, palancını palancı deydi. Stalin'in telegramımız 2. sentabr, onundan bir gün 2 gün burun. Demek kimnin o Beijing'e bardığanlığı, kimnin bağmaydığanlığı bitirip bulunduğun gepte. Stalin hiç nima qilmay turib, bu vekiller öldü, yeni vekil bardı deganni ayada Mao qo'qtirib. Shunga o'xshash Ahmetcan Qasimilarning o'limi siri, bu bir sir. Naq fakt hujjatlarni bilmaymiz, har xil narsalar bor. Eng oxirida chiqqan ba'zi bir materiallarda bu aeroplanninki 1400 metr yerdan tuyuqsiz pastlab, oxirida tuvallab, daraxt yopurmaqlarga urilib, eng oxirida bu aeroplanning yerga tushib, parchalanib
ikkiga bölünüp ketganligiga oid Ruslarning bir ashundaq vaqalarni tekshirish organining bir e'lon qilgan bir materiali bor yaqinda. O materialni o'qib qoldim. Uningda shular deyilgan. Ammo bu rasmo, ras emasmi, bu qandaq buning naq bilmaymiz. Hamda Ahmetjon Qosimiylarning bu o'lim siri ayrim. Uning aqsidan andan Sayfiddin Aziz qatorliq bu vakillar umiga 3 kishilik bir Uyg'ur, bir O'zbek, bir Xitoy. Bulardan tuzilgan o'mak Beijingga saq salomat berib, G'o'ljidan bevosita aeroplanda Olmutog'im elib berilmay ular mashina bilan. G'o'ljidan bevosita Stalinning o'zining aeroplanida o'tirib, o'zi shunda tasvirlaydi. Saq salomat Beijingga berib, poyezdda yaxshi kutib olinib, anadan keyin Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilish yig'iniga qatnashib, keyin aytib keladi. 49-yilning 9-oyning 25-kuni kelganda Burhan Shahidi boshliq Ürümçidagi bu bir qism Xitoy kommunistlari bilan qat'iy o'chaqda Ürümçidagi Gomindangning ichida ikki guruhga bo'linib ketgan. Bir qism kuchlar so'qishish kerak kommunistlar bilan deydi. Bir qism kuchlar deydi taslim bo'lish kerak deydi. Bu yerda Sovet konsulxonasi orig'i tushib, taslim bo'g'izish kuchlari uchun harakat qiladi ular. Shunday qilish orqali eng oxirida so'qishish deydiganlarni chet elga qochirib etib, mang'uzib etib, anadan Burhan Shahidi boshliq taslim bo'lish ideyasidagilarni ondan 9-oyning 25-kuni tavsiya etsi harbiy qo'mondoni Xitoy kommunistlariga taslim bo'lganligini jakardi. Buning hammasida Sovet ittifoqi o'ynab o'tadi bu rolni. Telegramma oraliqda mangdirish, G'o'ljidan Dinglichunda Ürümchiga akitish bu o'yinlarning hammasida shu Sovetlar turibdi. Eng oxirida 10-oyning 12-kuni anadan keyin Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilib bo'lgandan keyin 10-oyning 12-kunidan boshlab Xitoy armiyasiningki andan Wang Jin qo'mondonligidagi bir armiya, ya'ni 2 korpus qo'shin ilgari keyin 90 mingdan 120 ming kishigacha bo'lgan qo'shin Sharq Turkistonga umumyuzlik hujum qildi, tank broniklar bilan kirdi. 49-yili 10-oyning 20-kuni bir batalyonni Ürümchi kirdi. Ular kirgan uning oldida mavzuning o'zining butun telegrammalarida, buyruqlarida ishlatgan so'z Xinjiangni ishg'ol qilish degan so'zni ishlatib ekan. Xitoycha Janling Xinjiang deydi. Ammo 10-oyning 20-kuni Ürümchini egallab bo'lgandan keyin shu chaqda Xitoyning tashqi Xinhua agentligining boshlig'i, tashviqot ishlarining boshlig'i degan Hu Chaomu degan buyruq berib, bugundan boshlab bundan keyin Xinjiangni ishg'ol qilish, Janling ishg'ol degan so'zni ishlatmanglar. Azatlık, tinchlik bilan azat qildi degan so'zni ishlatinglar deb buyurdi. Shundan keyin 10-oyning 20-kunidan keyin Xitoyning atalg'usi Xitoy hukumatining Xinjiangni tinchlik bilan azat qilish. Shundaqmi uning nomi endi yani. Deganni ishlatgan, uning oldida Xinjiangni ishg'ol qilish degan so'zni ishlatgan. Buning hammasi farkli hujjat bilan men nimalardim ko'rsatgilik, ammo yaga kirgizib bo'lamdim. Demakki qisqasi shunda bo'lganda Sharq Turkiston oxiri 49-yilning oxirisida, ammo 50-yili 1-oygacha texi Xitoy Xalq ozodlik armiyasi shu vaqtdagi nomdagi bu qo'shin Manas daryosining g'arbiga yanilamda bir askar o'tmagan vaqt. Yana 3 viloyat bor. Lekin yeshil bayroq alluburun elib etilib, faqat oq bayroq saqlab qo'yilgan. Yana ikkili bayroqni elib etsak chataq chiqadi ekan deb, oq va yulduzliq bayroq bu diniy bayroq qilib qolgan. Sharq Turkiston Cumhuriyetining 3 bayrog'i bor. Yeşil ranglik davlat bayroqi, oy yulduz. Oq ranglik islomiy bayroq, diniy bayroq. Ondan Sharq Turkiston Cumhuriyetining yeşil rangdagi armiya bayrog'i bor. Armiya bayrog'ida oy yulduz, anadan har bir polkning ismi yoziladi. Bunda. Demak bu bayroqlar elib tashlanib, ammo oq bayroq qolgan, keyin 50-yilning oxirisida oq bayroqmi elib etilgan. Ondan 50-yil 1-oyda, ondan mavzudan 12-oyda 49-yil Moskvaga bordi, Stalin bilan ko'rishgani, Sayfiddin Azizni o'zi bilan birga elib bordi. 2-oyning 14-kunida Sovet Xitoy do'stlik ittifoqdoshlik shartnomasi tuzildi. Undan keyin bu joy ondan neft, yangi ranglik metal kelishimi tuzildi. Bu joy ondan Sovetlarning kontrolli ostidagi, ya'ni Stalinning kontrolli ostida. Ammo Xitoy hukumati kommunist Xitoy Xalq Jumhuriyati boshqaradigan bir rayon shaklida mavjud bo'ldi. Undan keyin Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurildi. Mana Uyg'urlarga avtonomiya berdi. Lekin bu Uyg'ur avtonom rayoni deganimiz butun zaminning boshqarish huquqi mush xalqning degan gap amaliyotda. Avtonom rayon degan muxtoriyat degan gap. Uni qog'ozda bo'lsa-mu, lekin qog'ozda bo'lsa mush rayonning
ma'muriy boshqarish huquqi 1.600.000-700.000 kvadrat kilometr zaminning egisi degan gap aslida. Bo'ldi, ana ekanki 50-yillardagi Sovet Xitoy munosabatlari, 60-yil buzilish, ana ekan dushmanlik, Xrushchov davri, ana ekan Damanskiy urushlari, shundaymi? Ikki tarafda yana to'qinish, yana Uyg'urlardan foydalanish, Sovetlarning ayrim hikoyalar davomlashdi. Demak, Sharq Turkiston Cumhuriyetining taqdiri shunday bo'ldi. 50-boshdan boshlab nurg'un odam Sovet ittifoqiga musofir bo'lib qochdi. 80-yillarda ketdi, 90-yillarda ketdi. Oxirisi har birimiz miyat o'ltirdik. Shu. Tugidi gapim. Rahmat. Doktor Michel oturup ben sorularını soruyorum. Yani kitap devamcılarına inşallah imza koyup özü. Birinci sualını ben sorayım. Abime yollayan sual. Hoşniyaz ağacımdan sabit tavırlarını Xitayga tutup belişi kallamdan hiç ötmeydi. Bu hadisini qanday düşünsek en doğru bulduğu rahmet eder. Ben örtürüp sözleymiş. O sualına koygan kardeşimizin benim cevabım benim mi kallamdan ötmeydi? Cipim tügü deme anda desem olmaydı. Cipim şu. Güzel kısa cevap. Yani iki sual alırız. Ben kes. Şu mikrofonu bir. Evet, hoş olduk, rahmet. Hepsini anlatmadınız. Lakin şu iki cumhuriyetin yıkılışı da asasen Rusya'nınki, Sovyet'ninki asas rol boğalıkını. Bu ahırda Sovyet İttifakı'nınki Şarkı Türkistan'da Xitay'a geldikini de söylediniz. Bu benim sual şu anda. Rusya, yani Sovyet İttifakı özü işgal kılmayı, ne için Xitay'a işgal kıldı diye. Mesela Orta Asya'da işgal kılmak olacak, Şarkı Türkistan'da işgal kılmayı, Xitay'a üstü sebebi, bunu ben anlayamadım yani. Bu sualınız ayeti yaxşı bir sual. Çünkü köp adamlar koygan sual. Nemişken bu Ruslar bizi besiv almadı. Şuna mı? Bazı çağda meni besiv al desem ama adamlar unamaydı iken de. Belki besiv algan bolsa bugünkü Özbekistan'a okşagan birinin buladı. Şunaqqa deymi, Kazakistanlığa. Demek bu siyasi taliyimiz şunçılık kaşki besiv ilişkin bulmaptı. Bunun sebebi nime? Ben deyim. Bu Şarkı Türkistan'dı, yoki Xitaylar atagan Şinjan'dı, yoki hazırmı nurg'un adamlar atayotgan Uyg'uriston'dı. Shundaymi? Yoki Uyg'ur elini, Uyg'ur diyorini. Bu zaminni nima uchun shunchalik qudratli bir Rossiya bizning yenimizda tarixdagi shunchalik kuchli turib hamma yerlarni besib elib, mushu yerni besib olmadi degan masala bor. Bu joyni besib olish Şarkı Türkistan'ı işgal qilish, harbiy işgal qilish, besib olish yoki besib olmaslik masalasi shu Charusiya davridan tortib bo'lgan narsa. Hatta benim ko'rgan ba'zi materiallarga qaraganda 1871-yili bu onun oldida Yaqubbek davlati qurilgandan keyin Yaqubbek nayt kuchlik men bayatını deb o'tdim-ku. Davlat bo'lgandan keyin Ruslar, Rossiya, Mushat, Suni, Alta, nima Qozog'iston, hozir Qozoq o'chog'ida Qozog'iston deyilmaydi albatta. Shu tuproqlarni ishg'ol qilib, kengayib kelayotgan chaqda Yaqubbek davlati yetishariga hujum qilish fikrlari o'ttirga chiqqan. Lekin yana bir qismlar uning qarshi chiqqan. 1871-yilda ili masalasi kelgan chaqda, ili sultonlik qurilgandan keyin, ili Uyg'urlari sultonlik qurgandan keyin Charusiya hukumati bu joyni besib olmadik degan masalaga yana bir qatim duch kelgan. 1866-yili bu Alaxon sulton mushu butun ilini egallab, Tungallardan hokimiyatini qo'lga olib, butun ilini o'zining kontrolligiga olgandan keyin ondan Rossiya ishg'ol qilgan zamindagi bir qism qirg'izlar, qozoqlar iliga qochib kelishga boshlagan. Qochib kelgandan keyin Rossiya hukumati Alaxon sulton ili hukumatiga "Ma odamlarni bizga qaytarib ber" degan takliflarni o'ttirib qo'ygan. U vaqtdagi ili shu Rus hukumatiga bo'ysunishni xohlamagan qozoqlarning va boshqa qirg'izlarning qabilalarining qochib panohladigan bir rayonga aylangan. Bu joy. Shunda vaqtda
Манчжу hükümetimi Rusya'nın aldığı iltimas koygan. Sen koşun evetip, muşu bizgen baslaşıp, bulanı yokutup versen, yardımlasan degende Rusya hükümeti Peterburg'dan bu degen biz sizlerin işinle arılaşmaymayız degen. Bu üzerlerinin işinle yerlik halkının üzerinin işi, bununla biz arılaşamayız, koşun kirgizemeyimiz degen. En ahırda 1871 yılda Tazanbek degen bir Kazak'nın şu vaxtıda Ruslar bilen karşılaşkan adamı, nurgun adamını başlap ilik geçip gelgenden keyin Kalpakovski degen bu Yetsu gubernatörü, harbiy komandanı general Allahan Sultan'dan bu adamını bizge tutup degende, qaytırıp degende Allahan Sultan qaytırıp bermeyen, yak degen. Musulmanını qaytırıp bermeydi degen. En ahırda bular arasında ıhtılap çıkan kayıtı ultimatum tapşırgan. Ana degan Allahan Sultan yana taraqqiy qilib, Ruslar bilan savdo qilishni cheklagan. Sening bilan hech qanday savdo qilmaymiz deydi. Shuni bularning hammasi Rus hukumatining Yetsu Turkiston guberniya hukumatining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Oxiri 1871 yil 4-oyda Peterburgda Çar podshoh Aleksandrning boshlamchiligida mush ilni qanday qilamiz degan masalada muhokama bo'lib, bir qismlar bu joyni besib olaylik degan. Rusya'nın harbiy davlat mudofaa ministri Dmitriy Milyutin deydi. Andikin bu Türkistan gubernatörü Kaufman, bu Yetsu gubernatörü ülkesi başlığı bu general Kalpakovski degandek harbiylar sistemistlikleri bu joyni ishg'ol qilamiz deydi, shu besib olamiz deydi. Ammo Gorchakov deydi tashqi ishlar ministri, Giris deydi bu savdo ministri degandeklar bular deydi, yo'q deydi. Biz eng yaxshisi bu yani besib olmay, mushunda tutib turib, vaziyat qarab ish tutib, eng oxirida bu joyni Xitoyning qo'liga berib, Manjuning qo'liga. Andan bu joyda o'zimiz paydo saqlab bo'ldi deydi. Shuning bilan demak bu yani besib olmaslik talash tortishilib, eng oxirida besib olish buyrug'i bilan 1871 yilda andan Kalpakovski iliga qo'shin kirgizib, ilini besib olib, Allahan Sultanni tutib ketdi. Shuning bilan ilini 10 yil besib etib, eng oxirida haqiqatan 1881 yildagi ili shartnomasi bo'yicha nurg'un oltonga ilini setib, Manjuning qo'liga berdi, Qorg'as daryosining chegara fasili qilib, o'zining foydasiga erishdi. Shunga o'xshash bu Sharqiy Turkistonni bu joyini besib olmaslik harbiy qo'shin kirgizish masalasi hatto 1912 yildami bir qatim bo'ldi talash tortish, ammo talash tortishda bir guruh odamlar besib olamiz desa, bir guruh bilan diplomatiya sohasidagilar, savdo sohasidagilar yo'q deydi. Qilmaydi, uni boshqa yo'l bilan foydalaydi degan. Mana shundaq jarayonlar bilan bu Sovet hukumatida boshdan oyoq markaziy komitet, keyingi burungi Çar podshoh hammasida bundaq talash tortish bo'lgan. Boshdan oxir ustunligi harbiy jihatdan ishg'ol qilmaslik, besib olmaslik, ammo bu yerdagi ojiz bir Xitoyni qo'shinni, Xitoy hukmronini tiklab qo'yib turib, bu joydan savdo jihatdan, hamma jihatdan foyda manfaat elib, o'zimizning namda aning qo'lida amaliyotni biz boshqaradigan rayon qilamiz degan. 1903 yili Charusiyaning Qashqarda evatgan harbiy razvedchik jasusi Kornilov degan adam, Laur Kornilov degan general o'zining yozgan Qashqariya yoki Sharq Turkiston degan kitobida shunda deydi. Bu joyni Rus hukumati hech qanday harbiy ishg'ol qilmay, eng yaxshi Xitoyning qo'li tutib, qo'yib berib, lekin o'zimiz boshqarib foydalanadigan rayonga aylantiramiz, chunki Xitoy ojiz deydi. Hatta Ruslarninki general bu Przhevalskiy bizning vatanga necha qatim kelgan. U mi deydi? Bu joyni besib olayli. Bu yerda xalqning hammasi deydi, Xitoylik o'ch biz besib olsak xo'sh bo'ldi bular deydigan menda fikrlarim bo'lgan. Shuna o'xshash bundaq besib olish, ishg'ol qilib olish yo qilmaslik degan gaplar 30-yillarda bo'lgan harbiy kirgizish. 40-yillarda bo'lgan, lekin u asos eqim bo'lmagan. Shunlar buni yaxshi Xitoyning qo'li tutish, ammo o'zi masalan Yanzing deylik. Yanzing boshqa degan bilan amaliyot savdo iqtisod foyda Ruslar xohlaganini qila oladi bu yerda. 30-yillarda Shinsesey deymiz, shundami Xitoyning qo'lidagi ishda. Nima Ruslar nima qilaman deb qiladi Sovetlar. 44-yildan keyinmi shunda bo'ldi, 49-yil shunda bo'ldi. Stalinning bir gapi bor 49-yil degan Xitoy tarafga. Xinjiangda hal olmaydigan masala yo'q, mensiz deydi. Men hal qilaman deydi. Şuna bu yerda Ahmetcan Qasimiylarning 49-yilda hatta biz Xitoy kommunistlari qo'shilmaydi, biz Sovet ittifoqiga qo'shilib ketsak degan taklifni berganligiga oid
Uçurlar var, ama ben hiç kanda bir tarihi hüccet neydi? Faktli kömüdüm, aynı gepler boğan değil. Demek ki bunun karaganda Uygurlarda 49. yılın ahırlarında, 50. yıllarda, 5'de Uygurlarda biz hiç olmaganda Sovet İttifakı koştup kessek, yaxşırak bulumuz deydigan talep, oy fikirler boğallığı, bu tabii ahval. Bu bir. İkincisi, Gomindan'ın 46. yıldaki harbiy razvedka uçurlarında Ahmetcan Kasimi Katarlıklar Nenjin'e berip, kurultayga qatnaşıp, Şinjan'ın Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni özgertiş deydigan bir layan oturup koygança onu Xitay taraf rad qılıp etken. Şu vaqtdaki aytgan sözlerde Ahmetcan Kasimi Katarlıklar deydi. Maqsadi bu Şinjan'ı Sovet İttifakı qoşup etmekçi bulanın maqsadi. Şunda hareket qılıp atıdı deydigan harbiy istihbarat uçurları var. Demek şu vaqtdaki Şarkı Türkistan inqilab rahbarlarida faqat imkoniyat bo'lmaganda bizni şu Sovetlarning qo'lida qolsak yaxshiroq degan umid. Mangaliq Abdurrahim Maqsum dedim g'oliqi. Biz aşının qo'lida qolsak yaxshi deb o'ylagan to'q degandek bundaq ideyalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo Sovet ittifoqining bir hujjatlarida ular mundaq talab qildi, biz rad qildik degan narsani ko'mdik. Lekin Shingsisay 34-yildan 43-chi bo'lganlikda ikki qatim Sovet hukumatidan Şinjan'ni qo'shib olishni, bu joyda Sovet Cumhuriyeti qurishni Shingsisay o'zi talab qilgan. Qilgan chog'da Stalin yo'q degan. Seni qo'shib olmaymiz, jim tur degan. Demek ki bu joyda bu mesele ezelden tatlı bo'lgan. Mening gapim tugidi. Nima uchun degan gap ayrım. Nima uchun undaq, ham nima uchun deganda Sovetlarning ideyasi bo'yicha olganda dunyoda yanılan davlatning oldida ishg'oliyatchi degan nomni olmayman deydi. Shakli bo'yicha. Ahir birla so'rib ketib başı soğantıdan bu. Ha, bo'pti. Bu bek hozirgi vaziyatimizni mo'ymanda tarixin xatosini biladi. Şu vaqtimizda Qashqar Angliya konsullari var ekan, Urumchida Amerika konsuli var ekan mesela. Tamam, milyarlarning bütün harbiy hamjodda so'yitpaqiligini rost. U to'xtagan ahvolasida yoki bizning siyosiy rahbarlarimiz yoki armiyadan yoki möteberlardan cho'qim Amerika konsuli yoki G'arb Angliya konsulidan yoki harbiy yoki siyosiy yordam himoyani edish so'yitpaqini tashlagandan badalga yana bir himoyani tayinlashni izlengen, yani konsoluk çeken bir tarih var yok. Muşkam sağlıklı. 33'teki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'de ulada Angliyaga tayinish. Hatta Hocaniyaz Hacım'dım boğan. Hocaniyaz Hacım Sovet İttifakı'na tayinish erkeşten kelişimi tüzüşünün aldığı Angliya hükümetiga 2-3 parça xat yazıp boğan Qashqa arqılı. Bizga yordam ve kural ver depçi. O Angliya hükümetinden uçakda hiç qanday yordam kelmegandiki andan Sovet qarab mangan buladı. O vaxtın özüdə bu fakt var. Ben bu kitabımın Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti tendenisi ve tragediyası dep atalgan kısmı da 6. tomda. Yani 5-6. tom məxsus 33'te 31'den 34 kişi bolğan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 tom kitap. Bu 1300 bət. Bunlar hemimiz təfsili yazıldı, oxusanız şondan cevap alırsınız. 44. yıllık Cumhuriyet meselesinde 46. yılda Ahmetcan Kasimi ile mesela bitim bulup Ürümçi turist jarayonida Amerika konsullari köreşken 47. yıl. Amerika konsulu Pakistan'ınki yuqoriga yollagan dokladlari var, ularni qabul qildik, ko'rishdik degan. Ahmetcan Kasimi, Abdukerim Abbas mı ko'rishgan? Çünkü o Xitoycha so'zlaydi-ku o'liqqa. Xitoy Ahmetcan Kasimi'nin Amerika'nın diplomatları bilan so'zlashgan yeri var, Amerika diplomatları var. Bazı adamlarni g'uljiga evatib, g'uljini kuzatgan bor. Amerikaning hech qanday hujjatida bu g'ulji inqilobchilarni tuhmat qilgan, haqoratlaydigan hech qanday so'z yo'q. Qo'zg'olonchilar deydi bular. Bu ozodlik uchun kurash qilayotgan odamlar deb ataydi-ku ularni. Lekin u vaqtda Amerikaning Gomindan Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan yaqin do'stlik, diplomatik munosabati bor. Sovet ittifoqi bilan. Ahmetcan Kasimi ile görüşken. Hatta Ahmetcan Kasimi şu vaqt Amerika prezidenti Roosevelt'nin kitaplarını okup çıkkanda Rusyasını. Şunçilik ularda Amerika'nı oylagan, G'arbni ularda. Oylamagan emas. Lekin Ahmetcan Kasimi'nin ait mühim bir sözü var. Malik ulusçular kimler degan bir maqolasi deydi bunu. Deydi. Biz deydi bizning yenimizda deydi Sovet ittifoqi var deydi. Biz 20 000 kilometre neredeki qaraganda yenimizdeki tayinimiz degan gap bordi. Bu yo'q uch yapandichilarni, uch yapandini tanqid qilganda biz Sovet ittifoqiga tayinmay amalimiz yo'q deydi. Bizning yenimiz shu. Bizga yordam beryapti deydi. Hem ularning yana bir yaqinlaganda Amerika bilan ittifoqdoshlik 10 kishi Sovet ittifoqini atlab yoki Angliya bilan ittifoqdoshlik munosabat 10 kishi mumkin emas.
Şu vaqtning sharoiti hech qilolmaydi. Davud Stalin nima uchun aeroplanga qo'shib o'tkazishga oldirib ketdi? G'arbiy davlatning himoyasini bunda tahdid qilgan. Ya onu aldırıp ketkenligini nereden bilsiz? Kim deydi aldırıp ketdi? Quruqda kirmay turib, shu aeroplandan uzuncha askar o'tgan deb sizin yozgan maqom. Ha ba. Ula aldırıp ket. Aldırıp ketmedi ula. Bu yergemde onun arkasından nurgun arka görünüşler var. Onu biz ona hüküm kılıp diyemeyiz o şarait. Kanda bol diye onun içinde. Nimeler değişti, Almut'a kep nime dedi, Olcu'daki 5 gün içinde. O Xitaylar yani nime değişti, Sovet taraf yani nimeler ne dedi ulağa. Nim bulap Almut'a verip kaldı bulaço. Nimeye bir yer nime arka uçurlu var. Ahmetcan Kasimi'li Moskova uçtu diyen Sovet casuslarının uçurları var. Kitabımda kırgızdım ben. Lekin o adam tuyuqsi ayak qilmadi, aeroplan tushib ketdi deydi. Nurg'un sirliq masalalar bor. Shuning uchun buning da bir nimani hukm qilish biroz tez. Shuma ayrim so'z. Qo'ldiqlan. Charchab. Hakikaten müşahede kupaylasak doktorun Bekşarçı Fotoğraf'da inşallah kağındı bu mükemmel eserden işçiden durgun suallarımızga elbette cevap çıkarıldığına çünkü onu da işçilmen.